Onun neredekini bilemsen? Mansur açıqqını kulimsirab qo'yib. To'y qildi. Dedi. Nima? Chaqchaqmi ya? Naq qasrni tashlab chiqib ketgandan keyin oilasi torilib, odamlari jihad uchun toqqa chiqib ketishdi. Cho'lpon qattiq ruhiy zarba yegan bo'lib, to'xtamay yig'lab, varqirab, jarqirab yurardi. Lekin uning yig'lashlari, varqirashlari go'zal jamoliga hech qanday ta'sir yetkazmagan edi. Tushundingmi gapimni? Hech nima tushunmadim. Qumulga tunji qitim kelgan bir Xitoy qo'mondon uni ko'ribla yoqtirib qopdi. Bo'ldi. Bu masala mush yerda qolsin. Unutib ketgani yaxshi. Bu vaqtda jiq gap qilganning foydasi yo'q. Qalbimdagi shodlik quchqunlari o'chirilgandan keyin o'zimni xuddi bir yor libida tegi yovvoyi hayvonlar, yirtqichlar, qop-qora islar to'lib turgan bir angning libida turgandek his qildim. Xuddi kichik vaqtimda qar besib qolganda ko'rgan bir yomon tush qaytlangan edi. Bu chog'da dadam menga uxlashdan burun Oyatul Kursiyni o'qib, payg'ambar alayhissalomga 100 qatim durud o'qib ketishni o'rgatgan edi. Bu yomon tushning nima deb xiyolimga kelib qolganligini bilmadim. Ah, Cho'lpon, sening keyingi ko'z yoshlaringga ishonaymi yoki boshdagi rad qilishlaringmi? Yoki vidolashishdan burun Xitoylar haqida ularni chilbirlarga o'xshatib qo'ygan so'zlaringmi? Soat qaysisiga ishonay? Qaraganda ochiq haqiqatga ishonishim kerakdek turdi. Aytmoqmiz Mansur. Qumulning qayg'u bosgan zulmatli kecha osmoniga qarab, gapimni davom qildim. Tog'da kechini supsuzlik ko'rasan. Jamchilar o'qigan marshlardan yuraklaring o'ynab ketadi. Ko'k yuzga yulduzlarni ko'rish uchun qaraysan. Bir talla cho'lponni emas, millionlarcha yulduzning mangulik kulimsirashini ko'rasan. Tog'lar pek go'zal Mansur. Cho'lponni keynimda qoldirib, qalbimdan chiqarib etdim. Shu aman osmonimda 15 kunlik dolunay chiqdi. Shundoq. Burun uning jamolini qatma-qat bulutlar to'sib olgan edi. Endi uning minglarcha, hatto 100 minglarcha yillardan beri un-tinsiz izzitin saqlab parlab turgan tabassumini tomosha qilayotdim. Men emsining nuring ostidaman. Ey yaylaqlik to'xtovsiz zulmatga jon e'lon qilgan nurliq ay. Demakchimanki, bu nurani inqilob rahbarlari va inqilobchilar. Agar men ulardan bir nechasining, yuzining, hatto mingning ismini zikr qilib sanab chiqsammi, yanala nurg'unlari tilga ilinmay qolib uvol bo'ldi. Ularning soni bek ko'p. General Mahmud Muhiti, ulug' general Osman Batur, Sharifxon To'ra, Osman Eli, ana av tufliklarning ustida bu qahramon jamoat turibdi. Bütün shahar yezilarini diqqat bilan kuzatib, e'lingan qarorlarni xalq orasiga yeyish uchun tirishyotdi. Jangovar Turkiston xalqini o'zlari ko'rgan xo'rliqlarning hisobini so'rash uchun fursat topsalar isyon qilishga chaqiryotdi. 1932 yilning oxirlarida shiddatli inqilob to'lqini boshlandi. Xo'janiyaz hoji Urumchida Xitoy tiklab qo'ygan raisning sarayida uchrashayli, dedi. Biz general Mahmud Muhitining safarimizda bizga Alloh yor bo'lg'isi degan so'zlaridan yo'limizning uzun, safarimizning mushaqqatli bo'lganligini, bu jarayonda qon to'kilish va dahshatli ilishlarni boshdan kechirganligimizni his qildik. Men qarindoshlar, bu ruslar taqib yurgan marksizm falsafasi ba'zi yoshlarimizni ozdirib ketibdi, dedim. Xo'janiyaz hoji kulib ketib, haqiqat quyosh porlagan chog'da bu hamoqatchi falsafalarning hammasi erib tugaydi, dedi. Haqbash cho'qqilarga bir qarab etgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Allohning irodasi odamlar o'zlari tuzib olgan har qanday falsafadan ustundir. Ular o'zlarining atizmcha falsafalarini abadiy nusratga erishadi deb qarashadi. Amaliyotda bu narsalar xuddi birdamlik chaqmoqqa o'xshash umri nihoyatda qisqa. Tarixning har davrida ba'zi mutakabbirlar Allohning kitobiga jang e'lon qilib boqadi va natijaga erishdik deb o'ylab qoladi. Amaliyotda zafardan to'limi yiroqda. Allah Taala kitabida Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz deydi. Allohning yordami bilan yo'lga chiqinglar. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmanglar. Turkiston xalqi ajoyib xalq. Taslim bo'lib, hasrat va iztirob ichida tamarqab, nurg'unlari g'aflat uyqusiga uxlayotgandek, ümidsizlik patqoqlariga petib qolgandek ko'ringan bu xalq bizni ko'rganda tantana qilishib, ko'zlarida shodlik nurlari parlab
vahimelerini bir yoqqa cho'rib tashlab, top bo'lib bizga qo'shilishga boshladi. Azbiroyi, Xitoylar qani? Ular qo'rqib qechyotdi. Iymon aytib biz bilan birga jang qilganlarmi oz emas edi. Xitoy kafirlarining penjasi ostida qolgan qizlarmi erkinlikka erishdi va bizga qatlib jangga otlandi. Shaharlarning birida xili baskit bir Xitoyni Kashg'arlik Rizvangul ismli bir ayol tutib olib, daraxtga bog'lab qo'ygan ekan. Xaloyiq atrofiga to'planib turibdi. U Xitoy soqchi bo'lib, ismi Chilli ekan. Xitoy xuddi bo'g'izlanishga tayyor qilingan buqadek yulqinib, o'zini qutqizishga harakat qilyotdi. Rizvangul uni qamchilashga boshladi. Sen bana, hey xotin, sen seni mening qo'limdan hech kim qutqizolmaydi deding, ha? Meni eg'ilningcha yiqitqaning esingda bormi u iflos? Unutib qolgan bo'lsang, yodingga sepib qo'yay. Sana ming qatimlab, men sana o'ch, sendan nafratlanaman, mendan hech nimaga erisholmaysan dedim. Allohning sendan va mendan kuchli ekanligini ta'kidladim. Sen mal'un qovonchilli, meni yalang'ochlab, askarlaringni boshlab kelding. Mas alas cheriklaringga qo'li bog'loqliq bechora bir ayolning yalang'och holini tomosha qildirding. Shu chog'da yomg'ir yig'ayotgan osmonga qarab yig'lab turib, chin ixlosim bilan Allohga duo qildim. Sen bo'lsang meni mazoq qilib, Allohing anglayolmaydi, chunki u yo'q. Bu yerda bor men, mana men Chinli dedim. Hozir neredesan, ha? Qara, atrofingdagi har tarafdan kelgan azimatlarga qara. Sening mag'lubiyatingni isbotlab turgan bayroqqa qara. Endi Allohni tunagansan, Chinli. Gap qila. Hozir ajab sajda qilib ketibsan. Yerni suyib turib, o'zing inkor qilgan Allohga yilinib ketyapsana? Sening nering erkak? Qo'rqinchoq pasanda. Sen pastkash abloq, mening dilimga qattiq azor berding. Tenimni bulg'uding. Mening dinimda bir ayolning ipitini oyoq osti qilishining jazosi o'lim. Xo'janiyaz hoji hayajonlangan kishilar to'piga qarab, Bu ayolning aqli joyidimi? dedi. Bir Qashqarlik odam Butun Kashgar xalqi u ayolning hikoyasini biladi. dedi. Xo'janiyaz hoji Uzun mezgil qiyin qistoqlarga duch kelgani aniq. dedi. Rizvangulning oilasi obro'li, dindor oilalardan edi. Deb tushuntirdi Qashqarlik. Bilinib turdi. Bu Chili degan mal'un ko'ngil xo'sh uchun asirga tushganlardan ifatli qizlarni tanlayapti. Bu Moskvada tarbiyalangan bir kommunist. Nurg'un cho'ng ulamo va dindor kishilarni o'ldirdi. Xo'janiyaz hoji Xitoy soqchining oldiga kelib, Nimalarni qildim? deb so'radi. Xitoy arg'in ko'zlari bilan uning qarab, G'oliblarning qonunini ijro qildim. G'oliblarning qonuni nima ekan? Xitoy javob bermagandan keyin yondirib so'radi. Ippatli qizlarni oyoq osti qilishmi? Uni o'zim uchun yaxshi ko'rdim va xohladim. Mushuning uchun urush qilg'ili keldingmi? Men ular buyurganini qildim. Mas'uliyat qo'mondonlarda. Xo'janiyaz hoji odamlar to'piga qarab, Qaranglar, xaloyiq, bizdan uning qasmisidan yetlab kelganlarni so'roqqa tortishimizni talab qilyapti. dedi. Ondan Xitoyga burilib, Allohning oldida yolg'iz so'roqqa tortilamiz, Chilli. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanaha keladi. Bu oyatni anglab boqqanmiding? Albatta yo'q. Biz seni boshliqlaringning qilmishlari uchun emas, sening jinoyatlaring uchun javobgarlikka tortamiz. Chilli yerga yiqilib varqirashga boshladi. Mening o'lgim yo'q. Bu shansi. Rizvangul qaqahlab kulib ketdi va Xo'janiyaz hojiga qarab, Janob rais, uning qo'lida o'lgan qarindoshlarimiz uningdan marhamat tilgan edi. Bir oqshimi yigitlardan birining xuddi mushuningdek mening o'lgim yo'q deb varqirganligini oldim. Lekin Chinli qattiq tashrifli qilgan edi. Chilli qarab gapini davom qildi. İnkar qila olamsan? Nihoyat tashrifli qilgan eding. Sovuqqonlik bilan tapanjani chiqarib, orqa-orqadan bir necha pay o'q etayotgan eding. Ondan Rizvangul atrofdagi kishilarni aylanib turib, hasratlik, ammo kuchli ovozda so'zlashga boshladi. Uning bechora qurbonlari ingraydi, ah uratdi. Ko'zlaridan hayotga bo'lgan talpinish chaqnab turadi. Bu Chenli degan itning kuchki
issiq çayını içip, tamakisini purqurtib çekip, paltosiga chiң yo'ginib tomosha qilib kulib o'ltiratdi. Ondan meni zo'rlab quchqiga o'ltirg'izib olib, yuzimni qalamtarish bilan tilatdi. Tasavvur qilib beqinglar, ko'z oldinglarga keltirib beqinglar. Qaranglar, yüzümdeki yara izleri tek yo'qlig'ini yo'q. Bu ablah yüzümden aqqan qonlarni yalab, gul qayqalar ichilib ketdi. Ondan "Bana adalet lazım" deb qattiq vaqirdi. Atrofni sukut bosdi. Hammanglar bu ko'zlari yoshga to'lgan, jiddiylashgan ayolga va daraxtga bog'langan mag'lub soqchi amaldoriga qarshi qolgan edi. Tuyuqsiz 60 yoshlardagi bir odam saflarini yerib o'tib maydonga etildi. Qo'lida bir eski qilich ko'tarib olgan edi. Xitoy amaldorining kallasini shundoq chaqqonlik bilan uzib tashladiki, nima ish bo'lganini anqira olmay qoldik. Buvayning "Men bu qizning dadisi" deyishi bilan atrof o'pir-to'pir bo'lib ketdi. Rizvangul dadisini chin quchoqladi. Xo'janiyaz hoji odamlarni tarqalishga buyruq qildi. Kashgar va boshqa shaharlarda janglar qizib ketgan bo'lib, qo'zg'olonchilar xoin va ishg'olchilardan ozod bo'lgan rayonlarni radga solib ma'notatdi. Har bir yurtning o'llarcha ichinishli hikoyasi bor edi. Xo'janiyaz hoji o'z-o'ziga "Men uning dadisi" degan gapni takrorlab turardi. O'zini u ayolning ikkinchi dadisidek his qiladi va jamoatga dahshatli azob duchor bo'lgan Turkistonning o'z sharaf va ar-nomusini qo'g'daydigan, badani va qalbidagi yaralarning intiqomini oladigan solih musulmon dadalarga va sharafli avlodlarga har zaman muhtoj ekanligini ta'kidlaydi. Esimga Juvaynimak cho'lpon kelib qoldi. Kashki umr Rizvangildek bo'lgan bo'lsa. Nereden xayolim keldi bu cho'lpon? Ya uning dadisi bo'lmasam? Bu jafoliq kunlarimiz uchun bir yutum o'g'idan boshqa narsa emas u. Güzel bağ bostonlarda barmoqlarni qantidigan yantoqlar cho'qin bo'ladi. Gullarning orasida zarlik ayollar yashirinadi. Cho'lponning aşı pastkash chillidan farqi yo'q. Bizning jamimiz chilli va uning qo'shiniga shundaqla cho'lponga o'xshash o'g'liq tikanlarga qarshi bo'lishi kerak. Her tarafda tinch hukm surishga boshladi. Kashgarda yangi jumhuriyat e'lon qilindi. Xo'janiyaz hoji Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining raisligiga saylandi. Qurilgan hukumatning bosh vakilligi bo'lsa, Qohiragacha berib ilm tahsil qilib kelgan Sabit Damullam ismli solih bir kishi saylandi. Sabit Damullam Millat Majlisi va ministrliklarni tashkilladi. Vatanimiz asosan ozod bo'ldi. Az kundan keyin Urumchini muhosiraga elish uchun yo'lga chiqdik. Urumchi atalmış Xitoy raisining turar joyi va oxirgi qo'rg'on edi. Men bo'lsam qo'shinni to'plash va buyruqlarni yetkazish uchun Qumulga vazifaga yo'llandim. Zafar bilan Qumulga qaytolganim uchun xushal edim. Bir askarning o'z yurtiga zafar quchib kelishi nima degan sharaf-a? U endi beshin tik tutib mangadi. Kishilarga mehr-shafqat bilan nazar tashlaydi va o'zi bilan xalqini bir kishilikning bog'lab turganligini his qiladi. Bu endi xalqning to'miridagi bir tomchi qonga, ularning ruhi va umidining bir parchasiga, baxti va qayg'usining bir qismiga aylangan bo'ladi. Ulug' zafar xuddi buyuk baxtsizlikka o'xshashla qalblarni birlashtiradi, barliq umidlarni bir xumdonga tog'laydi. Zafar bilan qaytgan chavandoz ko'chalarda faxrlangan holda mang'alaydi. Derizlardan ko'ringan xush tabassumli go'zal chiroylarga, oftobda kuyib ketgan bolalarga, u yoq bu yoqqa xotirjamlik va saodat ichida berib kelib turgan kasb dehqonlarga nazar tashlaydi. Shu chog'da u chavandoz o'zining sepillarini muhosiraga elib, to'p o'qlarini etib, yurtlarni Xitoyning paskina oyoqlaridan erg'dash orqali zimmisdagi mas'uliyatlarni ozroq bo'lsin ado qilganligini his qiladi. Mana men safar quchgan chavandozman. Nima degan go'zal tuyg'u-a? Yangi paydo bo'lgan faylasuflarning, ya'ni marksizmchilarning mag'lubiyatini, ularning mantiqlarining yo'qotilib darhol Allohni aslashga boshlaganlarini ko'rsam, qalbim shodlik quchimidi. Men ularning yolg'ondan shunday qilib qo'ymaganliklariga ishonaman. Ko'zlardagi parda ko'tarilib, tabiiy holda azaliy bo'lgan, soxtalik mavjud bo'lgan Allohga qaytdi. Yangi harbiy ayg'im bilan ko'chalarda aylanib yuratdim. Keynimdan chaqirgan ovoz anglandi. Yana qaytib kelsan mana Mustafa. Desem uni izlab kelding akşam. Keynimga burildim. Mansur durib turardi. Uning o'ng biligi va besh tang'ilib edi. Tas qapdima sen tanimag'ile, dedim chaqchaq qilib. Quchoqlashdik. Mansur durga so'zlashga boshladi.
Şifaxonada bir mezgil yatdim. Bilikimden 2-3 paydak o'q chiqarilibdi. Sonini menmi aniq bilmadim. Onun bilikimning vaqtda xolish bo'lib qolganligini aytishdi. Buning qirayati chog'liq. Perişanlık içinde beşini egip devam kıldı. Bek ko'p azimatlar shahid bo'lib ketdi. O'limdan nafratlangan bo'ldim. İnsonni o'ldirishi bek ichida chiqish ekan. Buncha hamoqatliklar nima uchun? Unutishga tirishman va yana yuramni silkib qo'yib, qurolni qo'limga olaman. Xitoylar yoki o'rislar to'plangan tarafga qaratib, top o'qlari yog'dirishga boshlayman. Ularni o'ldirgim yo'q. Faqat ularning bizni o'ldirishdan to'xtashini, qurollarning ovozini o'chirishini umid qilaman. Echinishlik bo'lgani, ularning o'zlari jimiqmay turib, qurollari jimiqmaydi. Mana buning o'zi ofat. Ularning qurollarining sarg'inlikdan to'xtashi uchun o'zlari o'lishi kerak. Bo'ldi, bu gaplarni deyishmaydi. Kulayli bir oz. Buncha qonliq jonlar orasida uni unutolmadingmi? Hayranlık bilen sordum. Kim ne? Cho'ponnichu. Ben onun dadısı. Bu gapni anlab Mansur qaqaqlab kulib ketdi. Sen uning dadisi degin. Tashlandiq saroy tarafga ko'z tashlab qo'yib, mundaq dedim. Qashqarda bir qari odamning mushnaqligini angladim. Men uning dadısı. Raisimiz Xo'janiyaz Ajoningmi, men uning dadısı deganini angladim. Do'stim Mansur Dorg'a, shuni bilib qo'yginki, vatanimizning doim men uning dadısı deb turadigan kishilarga qattiq ehtiyoji bor. Mansur Dorg'a mo'rangni qo'yib qo'yib, Urush sening nervlaringni charchitib o'tibdi, odosh. dedi. Belkim, dedim afsuslangan holda. Urumchiga bordinglarmi? Qo'rshab qoldik. Urush tugashga oz qoldi. Meningcha bo'lsa, bizning aziyatlarimiz tex tugamaydi. Dedi Mansur Dorg'a kulib qo'yib. Biz hozir ikki arada qisilib qoldik. Biz hozir ikki arada qisilib qoldik. Bir tarafda Xitoy kofirlari, yana bir tarafda Urus kommunistlari. İkilisining ko'zi bizda. İkilisi dinimizni yo'q qilish qo'ydi. Chunki dinimizni yo'q qilsa, bizning qutulgan bo'ladi. Ularning atalmış faylasuflarning shunday deyishganlarini angladim. Ular ishg'ol qilishgan ba'zi shaharlarning qochgan chog'da yo'q qilinishga ulguradigan maxfiy hujjatlarni o'qidim. Ularda mushunday mazmunlar bor ekan. Menda bunday materiallarda xil bor. Ularni Xo'jina zajiga opiraman. Bu rostda yangicha ahli sinf urushi ekan. Cho'lpon zolimlarning qanoti ostida qochib ketdi. Dedi Mansur tuyuqsiz qo'rqinchilab. Sen qanday bilasan? Uni o'zining qilib olgan amaldor eng burun qochqanlardan. Bunun bilan Rizvangulning orasida osmon simin farq bor. Devetdim ixtiyorsiz. Cho'lponning butun umri to'p-tuproq. Dedi Mansur kulib. Hatto laylatqa. Sen uni meningchilik bilmaysan. Sana tunji qitim cho'lpon haqida ozroq so'zlab beray, qadrli do'stim. Uning ondan ortiq oshiqi bor edi. Ot paqardan tortib podsho bo'lguncha, navbat tutgan askardan uningga zibu zinnatlari sovg'a qilgan xayri boygacha. Sen bek sodda, axloq ekansan Mustafa. Qayg'urma. Men sana qat'iy o'xshamayman. Bu qora kunlar menga bir xil kishidan boshqaga ishonmaslikni o'rgatdi. Qo'liga qurol elib, o'lgicha jang qilgan odamga ishlaman. Hozirgi davr fitna fasodga to'lgan ozg'un bir davr. Bu davrda yashashning o'zi bitalaylik. Cho'lpon Urumchiga ketdi. Ishonginki, agar Urumchiga kirishga muvaffaq bo'la olsak, sizning oldinga yig'lab yordam tilab keladi. Hammaylanga ziyonkashlikka uchragan iffatli ayol bo'lib ko'rinadi. Kishilar uning ko'z yoshlariga ishonishadi. Sizning o'xshashlar qalbim erib ketadi. Xaylarga o'lim. Dedim zarda bilan tapanchamni silab qo'ygach. Mansur mo'risini qaqib kulib qo'yib. Qilolmaysan. Shunday qilishimiz zo'r deb qaramsan? Vatanimizni o'g'liq tikanlardan, parazit o'tlardan irg'ilishimiz lozim. Tikanlarni Alloh yaratgan. Parazit o'tlari har doim bor. Har rost. Men bir tog'liq ayol bilan o'ylandim. Jang urush haqida jiq bir narsa bilmaydi. Ha, senchu? Bir ikki kun qumulda bo'laman. Uningdan keyin Urumchiga qaytaman. Men sizlarga 2 haftadan keyin qo'shila olayman. Mansur bilan xo'shlashib, qo'limning ko'chalarida nishonsiz aylanishga boshladim. Nimada bo'lmasin, biz Rossiya va Xitoydan iborat ikki cho'ng davlatning orasida qisilib qolgan kichik bir davlat edik.
Lekin kichikligimizni bahona qilib, tajovuzchilarga eshigimizni ochib, Allohning bizga ato qilgan ne'matlarini bulang-talang qilishlariga qarab turamdiq? Albatta yo'q. Urush 1 oy, 2 oy, 1 yil Allohning xolig'icha uzrab ketsin. Bütün ömrümüz jang maydonida o'tib ketsin. Bu bizning taqdirimiz demakdir. Bizning boshqa tanlashimiz yo'q. Urush hamma narsani vayron qilibdi. Hamma yer xaroba. Dedi Xo'ja Niyoz hoji atrofga qarab. Xudayım soğuz yüreğimizde Allah'a her özümüzge bolgan sevimimizni yok kılmasın. Dedi Şerifxon Töre. O bestlik, sürlük adam bulup, xuddi Allah onu jangchi bo'lish uchun yaratgandek qiladi. Hamma yerda och yalang'ochlar. Bilemin qacı, soğuzun bedeli ağır. Her yerni qo'rqinch, endisha asir qilibdi. Qanday qilamiz? Şerifxon Töre Xo'ja Niyoz hojiga yaqin kelib davom qildi. Mening oyum Ürümchiga kireyik, ümit az bolsa da. Shunday qilishimiz kerak. Ye ölüp bitermiz, ye Ürümchimen elini bütünde kolumuzga alarmız. Bu gaplar bo'layotgan chaqda Jinshurun bilan Ruslarning o'rtasida musulmonlarni ezadigan moddiy va askariy yordam haqida kelishim bo'layotdi. Amaliyotda Ruslar Jinshurunga ishonmaydi. Shunga darhol harakatga kelib, Xitoy armiyasi ichidagi niyati buzuq atalmış Xitoy qo'mondon Shing Shisayga yordam berdi. Shing Shisay kommunist edi. Harbiy o'zgarish muvaffaqiyatli bo'ldi. Jinshurun Rossiya orqali Xitoyga qochib ketdi. Huquq butunlay Shing Shisay va uning kommunist qo'lchimoqchilarining qo'liga o'tdi. Ruslar bilan Shing Shisay orasida o'zaro yordam berish nomi ostida bir yangi kelishim tuzildi. Shing Shisay Sharqiy Turkistonning xom ashyolarini Ruslarga avatib berishni va'da qildi. Ruslar buning bedeliga muhosirni yerib chiqib, yangi qurilgan Turkiston Islom Jumhuriyatini yo'qotish uchun askariy kuch va qurol-yarog' yordam qiladigan bo'lishdi. 1933-yili dekabrning ma'lum bir kuni Ruslarning 30 aeroplan, 20 tanka, 50 urush mashinasi bilan qurollangan 3 brigada askari eli cho'chak yo'llarga to'kildi. Xabarlar to'lin bearam qiladi. Kishilar bizning tuyuqsiz yetib kelgan yordamchi qo'shiniga tang kelolmasligimizdan haddidan ortiq ansiraydi. Texi tunugun urush qilyotdik. Dedi Xo'ja Niyoz hoji. Bu gapni anqara olmagan Sharifxon Töre Bugünşi, dedi. Bugungi urushimiz o'zimizni halokatga etishdan boshqa narsa emas. General qarab gapini davom qildi. Bugungi urushimiz o'zimizni halokatga etishdan boshqa narsa emas. General qarab gapini davom qildi. Shundaqdimi bizning urushdan boshqa chiqish yo'limiz bormi? Qadrli ko'ram. men sayasat degende bilmeymin. Tecrübelerden yürüngenim bizden tek şıgar yolumuz soğuz. Soğuz maydanında jembesek, javdun gözü kural tastağı kıyın. Undaqda urushni atoqqish davom qilamiz. Dedi Xo'ja Niyoz hoji qo'zg'olonchi qo'shinga o'q yog'dirayotgan aeroplarga qarab turib. Bu oraliqda ruslar askariy, tijoriy, shundaqla siyosiy mutaxassislarni avatgan edi. Urumchidagi yangi Xitoy raisi Shing Shisayga avatilgan ikki cho'ng maslahatchining biri keyincha Sovet ittifoqining hukumat raisi bo'lgan Malenkov edi. Malenkov nəhayət qo'l qaqbash bo'lib, uning lohiyalariga va fikrlariga sal qarag'ili bo'lmaydi. U Shing Shisay bilan ko'rishib, mundaq dedi. Mening urush haqida bir fikrim var. Eğer amalga oshiralasak, jiq qalbiga erishimiz. Xo'sh, dedi Shing Shisay. Bizde bir Türk'ün tamamen Rusya'da terbiyelengen Şarkı Türkistanlık komünist yaşlar var. Ular nait işençilik. Eğer biz onlarını yönep hakimiyetinin golluk yerlerge koyarsak, o çağda uruşunun tüsü özgürdü. Uruşunu xuddi mutaassib Xo'ja Niyoz ve adamları bilen yenilikperver Haşim Hacı ve Seyit Hacı qatorliqlar o'ttirsida bo'layotgandek qilib ko'rsataymiz. Bu fikrini Shing Shisay qo'sh qo'llab quvvatladi. Sharqiy Turkistonlik kommunist yo'ldoshlar darhol to'plandi. Seyit Hacı o'z vaqtidagi NAS Gestapochilarininkiga o'xshash istixborot idorasiga rais qilib saylandi. Seyit Hacı Sharqiy Turkistonliklardan intiqom olish va ulardan ma'lumot egallashda eng pastkash o'yinlarni o'ynadi. Shahar-shaharlarda istixborot idorasining sho'balari qurildi. Allah bizga ato qilgan bor kuchimiz bilan urushyotdik. Jang chin ma'noda dahshatli bo'layotdi. Urush faqat ruhni tandan judo qiluvchi miltiq, aeroplan, tanka, qalqonlar bilan emas, balki
kommunistlar nihoyatda mahir bo'lgan chiqimsiz bir usuldan bo'layotdi. Bara-bara kommunistlar g'olib kelishga boshladi. Biz Urumchidan chekinishga majbur bo'lib qoldik. Do'stim Mansur Dorg'a ularga asirga tushib qolib, bir amallar bilan qochib qutulgan edi. Yanimizga qaytib kelgandan keyin ajoyib-g'aroyib so'roq qilinish jarayonlarini so'zlab berdi. Bu Mansur Dorg'a haydab opirilgan Chexiya organi deb atalgan istixborot binosida bo'lgan ishlar bo'lib, dahshatidan kishining tasavvuriga sig'maydi. Mansur Dorg'a qiynoqdan yiqilib qoldi va Men tog'liq, urush deganni tushunmayman. Savodim yo'q. Isyanchilar mening qo'y padlarimni zo'rlab elib oldi. Ondan sizlar kelib meni tutdinglar. Men gunohsiz. Urush deganni bilmayman. debdi. İstixborot markazi jahannamga o'xshaydi ekan. Mudir Seyit Hoji o'zi ish beshi turib chalva qapti. Haydut xoinlar, nimishqa mutaassif xoin xo'ja niyozning sepida urush qilishsa, uning mollaringlarni aldab elib olganligini, senlardan to'ydirmay yiqqan millionlarini, senlarni mal o'rnini setib xarjlaganini, o'zining bo'lsa hadisabsiz mal dunyo xotin kinizakka sahib qilib bilishmamsan, qaramana uning razil qilmishlari. Shuning bilan uning oldiga o'ydirma xabar, yolg'on sansifir, yasalın foto suratlarini yeyishga boshlabdi. O'xshash ishni Sharifxon To'ra va boshqa muhim rahbarlarning hammasi haqida qiladi. Mushundaq yolg'on yavdoqlari bilan asrlarning ruhiy yo'lanchiklarini birma-bir o'rib tashlagandan keyin Seyit Hoji Saboniylarni chaqirib, qiyin qistoqni boshlaydi. Ularning qabihlikda jahonda tangdishi yo'q saymonlari qiyin qistoqqa ilinganlarga jahannamning azobini tetitadi. Bichoralar yig'lashqa, vaqirashqa boshlaydi yoki qon qilmay o'ladi. Ertasidan boshlab bu ma'sum odamlarga majburiy imzo qo'yg'izilgan iqrornomalar atalmish Shinjong gazetiga besilib tarqalishga boshlaydi. Bu gazetning mudiri Rambo degan pastkash Xitoy bo'lib, xoinlar yoki istixborotchi shaykalar yozgan yozmalarni Turkiston avlodlarining nomida nashr qiladi. Urush maydonlari ko'payib, har tarafdan hujum bo'layotdi. Qo'zg'olonchilar janggohda qurol tutgan yov bilan ilishishdan boshqa yana eng chong dushman ruhiy tushkunlik bilan ilishishga majbur bo'lib qolgan edi. Umrim bo'yi unutilmaydigan u kun keldi. Ah, kashki Alloh men u kunni ko'rsatmay turib omonatini olsin-chi. 1934-yili iyul oyida jang nihoyat qizib ketdi. Har tarafdan Xitoy va Rus kommunistlar ularning gumashlari bo'lgan yerli xoinlar mo'g'ildab boradi. Qarindoshlarım, oldimizda shehidlikdan boshqa yo'l yo'q. dedi Xo'ja Niyoz Hoji atrofga qarab. Sharifxon To'ra ilishdan erib hali qolmagan, usti beshini to'pchang besib ketgan edi. Aeroplan va tanklar to'xtamay o't chachirtib turardi. Yo'llar jasadlar bilan to'lgan. Havoni qon ila qaplab ketgan edi. Bu yol biz jengildik sekildi. dedi Sharifxon To'ra. Xo'ja Niyoz Hoji Boshqa bir o'ringa yetkazmasak bo'lmadi. dedi. Düşmanlar ko'payib ketdi. Biz tartibsizlar chekinishga majbur bo'ldik va kuch selishtirmasda biz nihoyat ojiz taraf bo'lgan bu jangda tartibsiz chekinishning dardini obdalli tortdik. Qo'l qutlarimga sanjilayotgan tikanlarga pisandma qilmay bir qiyoga yamishishga boshladim. Egiz bir cho'qqa ulashgandan keyin hasirab, o'milib turib yiroqlarga qaradim. Voy Alloh! Xo'ja Niyoz Hoji, Sharifxon To'ra va bir turkum boshqa qarindoshlarimiz dushmanning qo'liga tushib qolgan edi. Ularni cho'qim Chexiya organi deb atalgan istixborot markaziga qarashliq bir yerlarga haydab minishgan edi. Umidlar quridi. Qon sungan qushga o'xshab qoldim. Qalbimdagi hamma narsa, muhabbat, umid, g'alaba hammasi o'ldi. Xuddi tunugun cho'lpon yuragimni o'lgandek. Ko'rashchan kunlar g'oyib bo'lgan, faqat aslimalar qolgan edi. Xuddi ko'zdan g'oyib bo'lib, o'z vaqtida hech qanday xabarini ololmagan Mansur Dorg'aning aslimalariga o'xshash. Bolaliqdan boshlab kommunizm sapsapsida tarbiyalangan bu Turkiston avlodlarining enatga rahimsizlik, qulchilik va inqilobga bo'lgan o'chmanliklarni ko'rish meni bek bearam qilibdi. Menga eng har kelgini tug'uloqqina, poltay ko'z, ovoz bom bir yurtdishimning o'z qarindoshlarini qo'y haydagandek haydab minishi va ularga hayvondek muomala qilishini ko'rish bo'ldi. Xo'ja Niyoz Hoji va Sharifxon To'raga nima bo'lganligi hali uzungacha sir tutildi. Chunki ular va boshqa asrlarni tog' jilg'illarining orasidagi noma'lum bir yerga ilib ketishgan edi.
İstihbarat merkezida Xo'ja Niyoz hoji yirtiq kiyimlar bilan badallari titma-titma bo'lib ketgan holda o'tiribdi. So'roq mislsiz dahshatli bo'layotgan bo'lib, nurg'un muhim shaxslar qatnashgan edi. Ularning ichida ruslardan Malenkov Fedin, Zakharov, Ivanov va doktor Joravelyov, Xitoylardan Jallod Shang Shisay, Zhang Minfang, atalmış Şinjan geziti bosh muharriri Wang Baoxin, keyincha Xotanga vali bo'lib tayinlangan Fang Beifenler bor edi. Xo'ja Niyoz hoji ko'zlari qizarib ketgan, mag'dursiz holda o'tiribdi. İstihbarat müdiri Seyid hoji uning qarab vaqirdi. Jinoyatdan e'tirof qilamsan yo'q? Xo'ja Niyoz hoji kulib ketdi. Hozirlik qancha chirqib chiqib ketadigandek bo'lib ketgan ko'zlari bilan uning tikilib turib, Senchu? dedi. Men Ey Seyit, hain menmi ya senmi? Xoin Seyid Xo'ja Niyoz hojining yuziga bir shapaloq soldi. Cumhur raisimiz bog'langan qo'llarini silkib, masxara aralash pichirladi. Köküyündek nimandak adamın içine sıkıdı mı o? rostini ayt. Emmisi rüşen turmamdı. Dedi Xo'ja Niyoz hoji kulib. Erkinliki ve şan şerifini qo'ydiganlarning qo'llarida kishen, necis hainlarning qo'lida bo'lsa ishlarning tizgini, qamchi va zulmatli zindonlarning ochqichi. Yana bir haqiqat shuki, men hamini o'laman. Shunga men sening yuzingga tüküra olmayman. Tfi! Buningdan cho'chib ketgan sotqin istihbarat mudiri Xo'ja Niyoz hojiga nafrat bilan qarab, To'g'ri dedim. O'lasan. It o'lmadi o'lasan. Jasadingni hech kim topolmaydi. dedi. Cesetimning nima qiymati bo'lsin? Ruhim tog'lardan eshib, yukseklarga ko'tariladigan, o'lmaydigan tursam. Qo'lida qalam, qog'oz tutib olgan bosh muharrir gapga aralashdi. Ruh degan nima? Xo'ja Niyoz hoji uning qarab qo'ydi. Uni taniydi. Gezitingda Budda dinidan, ko'ngilchilikdan yozimlar nashr qilmamsan? deb so'radi. Savolni men so'radim. Ma'qula. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi. Parvardigor degan nima gap? Yaratquchi. Qaysi yaratquchi? Seni Malinkovni shaxsiyni yaratganida shak bo'lmagan yaratquchi, yagona yaratquchi. Malenkov sog'liq qilganda qilib, Tabiat Emisa men so'rab boqay. Tabiat degan nima? dedi Xo'ja Niyoz hoji masxaralik kulib. ko'ringan hamma narsa. Bu tabiatni kim boshqardi? Kim yaratgan? Bu degan mutaassiblarning safsatasi. dedi Seyid hoji. Xo'ja Niyoz hoji kulimsirab qo'yib, Qur'ondagi muno oyatni pichirladi. Ular ya'ni qiyomatni inkor qiluvchilar, hayot degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz va terilimiz, ya'ni tug'ilimiz faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz, deydi. Ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi. Butun xalqni aldaganligini e'tirof qilishing kerak. dedi Seyid hoji yaqin kelib, past ovozda. Senmi o'z erkinligi uchun jang qilgan bu xalqning ko'zini bo'yganligini e'tirof qilishing kerak. Qanchalik boyliqni yoshirin yavalganligini e'tirof qilishing kerak. Mening shaxsiy menim yo'q. Jasur mujohidlar bilan borni taniyib, birga yetib, birga qopdim. Mana hozir urush jinoyatchisi sifatida sotib tortilyapti. Ishg'olchilarni qo'g'lab chiqarish uchun urush qilaligim mening sharafim. Men jinoyatchi emas, balki Alloh yo'lidagi mujohid. İslamni yo'q qilishimiz kerak. Shunda bütün qarshiliklar yo'qaydi. dedi Malenkov Shimasayning qo'lqa pichirlab. Albatta. Seyid hoji materiallarni yig'ishtirgach, Sening e'tirof qilishing behojat. Urush maydonida jinoyat ustida qo'lga olindingsan. dedi. Necis xotirangga yozib qo'y. Pushaymonim yo'q. Shahidlikni orzu qilatdim. Qo'l ostimdagilarning birovi bo'lgan bo'lsang, qurt qo'ng'izni mijg'andek ezib jibergan bo'lar edim. dedi Sharifxon to'ra Seyid hojiga burilib. Sana o'lim jazosi yetmagidek. Seni parcha-parcha qilib go'shingni itga tashlab berish kerak. Mansur Dorg'umi shu turma qamalgan ekan. Bu ishlarni o'z ko'zi bilan ko'ribdi. O'zimi qiyin qistoq va xo'rlanishlardan nesiyasini olibdi. O'limdan mo'jiza qutulib qoldi. Avgust oyining bir kechasi istihbarat markazining atrofida qattiq bir portlash yuz beribdi. Paydo bo'lgan qalayimqonchilik va tomdan echilib qolgan yo'chiqdan fursat tepib, Mansur Dorg'u bilan yana 3 kishi bu turmadan qochibdi. Lekin qolgan 3 aylan o'q tegib shahid bo'libdi. Men Mansur Dorg'uni taki 1 yildan keyin tog'da eski tuski ifodachi kiyimlari bilan oqsoq holda uchratdim. Boshqalar uni sarang deb olgan edi. Bu mushkul kunlarda dushman kishilarning ideyasini yurtlardagi xotirjamlikni buzib bo'lgan edi.
Nima qimmatli bo'lsa, shuning qo'yig'i tushgan edi. Mansur Dorg'a mundaq dedi. O'ylab baqa. Ruslar vatanimizga hayvonlarning naslini quritish uchun hayvonlarni Sovetga elib ketib o'tibdi. Xuddi tunigun Xitoylar bizning ayollarimizni qilganni, bugun bular o'tib teshib hayvonlarga qilg'il turibdi-da, dedim perişan holda. Töhmetler, uydurma jinoyatlar, begunoh insondan biriga töhmet chapib oldimi, bo'ldi. Uning butun jaddiy jamoat o'roq tuqqanlarini tutib, solashga bahona topilgan bo'ladi. Yaman xabarlarning sirtqi tarilib ketmaslik uchun har bir yurtning atrofida mustahkam qo'rg'onlar barpo qilindi. Andish avj oldi. Her tarafni qo'rqinch, vahima qoplab ketdi. Kishilar o'z bolalari bilanmi erkin ozoda so'zlasholmas bo'lib ketdi. Ruslar bir uylik odamning yarmini jasos qilib bo'lishgan edi. Qo'shnilarmi bir-biriga ishonmaydigan holga kelishdi. Davlat o'rinlarida ishlaydiganlarningmi ko'pinchisi jasos. Askar, o'quvchi, ishchilarning yarmi degidek istixborot markazidan maosh olgan bo'lib ketgan edi. Ba'zilar tahdidga uchraganlikdan, ba'zilar turmaga tashlanmaslik uchun kimdir o'g'lining g'oyib bo'lib ketmasligiga, yana kimdir qizining tutib ketmaslik uchun qiladi bu jasuslikni. Kishilarga ortilgan tuhmat, uydurma jinoyatlarmi xilma-xil ajoyib g'aroyib edi. O'quvchidan birini tutadi. Ataqda qo'zg'olon qatnashishni niyat qilganmish. Ishchidan xohlagan birini savol so'rab qitotib qiyin qistab oladi. Va joyiki ko'z qarashlari davlat bexatarligiga ziyon yetkazamish. Bir o'qimishlikni tutadi. Atalmish chet elga xizmat qilganmish. Ya Allah, bu ko'rganlarim ba'ayni qabohatli tushdek bo'lib o'tganlarga ishongim kelmaydi. 100 mingdek odamning vahshiy usullar bilan o'ldirilganligiga, 1,5 millionga yaqin kishining tutqun qilinganligiga, diniy ulamolarning avval xo'rlanib, ondan vahshiylarcha o'ldirilganligiga, tarixiy va diniy kitoblarning ko'ydirilganligiga, masjid madrasalarning ig'il ambar yoki teatrxonlarga aylantirilganligidek haqiqatga qandoq ishongim kelsin? Yangi avlodlarni bo'lsa, tarixni burumlab, kishilikni buzib, yangi taraqqiyot to'niq o'rnagan qizil istilo to'fonida tunjuqtirib yo'q qilib boradi. Qumul shahri. Beşondan ajab ko'p fojialar va ofatlar o'tdi. Xitoy ofitserining bek qiziq ega bo'lish yomon niyatini ko'pikka aylantirdim. O'limalar qo'zg'aldi. Isyon portladi. Hamma odamning og'zida qumul edi. Qumul chidam g'ayrat, tik turishning simvoliga aylangan. Qumul demak g'urur va sharaf demak. Qumul demak iftixor demak edi. Qumulliklar bu esil shaharning farzandi bo'lganidan faxrlanishgan edi. Xuddi ajdodlarga o'xshash shaharlarmi mushundaq bir mezgil sha'ni shavkitib o'tkazsa, yana ba'zida Allohning koinotdagi eng qadrsiz narsasiga aylanib qoladi. Qumulning qo'zg'olondan keyingi tantanali kunlari uzoqqa bormadi. Qanliq intiqom uchirdi. Bek asri bo'lsa, o'q yomg'irlarining va g'azabning asosiy nishoni bo'lib qoldi. Kichik beka va boshqa oila a'zolari qasrda edi. Cho'lponmi shu yerda turibdi. Ular qish tayyorliklari kutib chiqib ketaydi deb turishiga Bovding ismli Xitoy harbiy amaldori qasrga besib kirdi. Ammo yanada jiq askar yo'q edi. Bovding beliga islom qilishning sepini siqimdig'inicha kirib keldi. Kiribla gullikdagi qip-qizil atirgulni purab turgan latofat qizni ko'rib, turgan yerda qetib qoldi. Cho'lpon Bovdingga ma'nilik tabassum bilan qarab turadi. U tehi ig'iz ochmayla Cho'lpon kulimsirab turib, bizni elish uchun majburlashga bo'lmaydi. Men shijoatli asbatlarni yaxshi ko'raman, lekin rahimsiz jallodlardan nafratlanaman, dedi. Bovding uningga hayronlik bilan qarab qoldi. Bu gaplardan nima demakchidir? Eng avval u kim? Jamoaning go'zalligida shak yo'q. Uningga qaragan har kim maftun bo'lib qoladi. Lekin Bovding hech kimga ishonmaydi. Allohning butun maxluqotlaridan gumon qiladi. Hamma narsaga kuchini ishlatib, qo'pollab, zo'rlik bilan erishishga amroq edi. Askar emasmi? Uning ustiga qalbi uning tarafida. Ammo bu mag'lub musulmonlar Xitoylar bilan to'ylashni rad qildi va shuning uchun qo'zg'olon ko'tardi. Cho'lpon, agar meni majburlab olsang, aqlli saodatni tutolmaysan, dedi. Bovding uningga yaqinlashdi. To'g'rilab turgan Qur'onni tushirgan holda, Gapingizdan qaraganda birdan o'ltirib may ichishga yo'q demaydigandek qilasiz. dedi. Eski, nima deb yoqtigidekman?
lekin odamlardan xijil bo'lyapman. Dedi Çolpan nazlanıp, yüzü kızargan aldı. Ularni sirtki saqlashga buyurayman. Çolpan çırayını töştürüp, Voy xudoyim, shunchalar odam qarab tursa, hatto haq saqlayotganligini bilsa, ikki oshiq qandoqmi qo'shar bo'larsin? Yo'q, kessin, yiroq kessin. Qasrda men ilib ketmasam bo'lmaydigan odamlar bor. Mana men qasrning xonimi, oldingda paqlandek bo'yin egib turibdiman-ku mana. Bağdın askerlerini derhal gazarmaga qaytib ketishga buyurdi. Ularni ketkizib tutla Çolpan'a qarab, Endi bo'lganda, go'zalligingiz aqlimni lol qildi. dedi. To'xta, sabr qilib tur. Azroq upa anglik surib, atir chechib, may yilib chiqay. Çolpan aldırab içkeri kirdi. Ağcayim, bek kızı, qarindoshları ve başka hizmetçiler sarasım içinde ün-tünsiz o'ltirishibdi. Qumul shahri tun qorong'usi burkangan. Atrofda vahim hukm suratdi. Çolpan bek oilasiga qarab qat'iylik bilan Qaytishning payti keldi. Xitoylarning qo'liga asir bo'lib tushib qolmaslik uchun darhol ketishdilar. Har qaysilaridan ayrilib, qilib qilishga chidamayman, lekin o'zlari bo'lsinmi ketib olishdilar. Men u Xitoy amaldarini qo'llab turman. Har qaysilari orqa eshikdan asta chiqib ketishdilar. Biz tayyor qilib qo'ygan harva orqa eshikning yerida saqlab turibdi. Chiqib tog' tarafga qarab me'asdilar. Qaytish yo'llarini qamal qilib olishgan bo'lishi mumkin. Ular bilan to'qinishib qilishdan saqlanishdilar. Chunki birisi bilan to'qinishib qilishsa, butun dushmanlar yopirilib keladi-da, hayotlari yoki izzatlari xavfga uchraydi. Men har qaysilari uchun o'zimni qurbon qilishga tayyor. Vaqtni o'tkazmay darhol me'asdilar. Xitoy amaldori saqlayotidi. Men uningga may elib chiqay. Tez qechishdilar. dedi. Emmeylen ünsüz yaş döküşke başladı. Vedalashqach öksüp yığlaştı. Çolpan kirpiklerdeki yaş kurulmagan bolsumu Xitaycha bir seriq naqshini g'ingshig'a chiqib keldi. U bir necha misra naqshini bir qari Xitoy xizmatkordan o'rganib olgan edi. May elib kelgan edi. Xitoy amaldoriga bir qadah may sundi. Bovdin qadah shubi bilan qarab qo'yib, qo'pollik bilan titrivetdi. Çolpan uning bu qilqidan biror ishini to'yib qolgan bo'lsa kerak, deb cho'chib ketdi va qo'rqqandan chiroyi titrib ketgan holda Nim bo'ldi? dedi. Zahar silayotgan bo'lsam-chu. Çolpan teliqib qolg'uda qaqahlab kulib ketdi. Uningga mansitmagan nazarda qarab, Men ahil ichib beray. Bu qasr bino bo'lib, tex biror kishi zaharlanib o'lgan yo'q. Biz mayli mayli ayol bo'lsin, faqat qilich bilan ilishimiz, suiqasd bilan emas. Bovdin uningga yaqinlashib quchoqlab oldi. Çolpan uni yenikkin ittirib etdi va Behchiq narsadan qo'rqib qoldim. dedi. Bovdin Çolpanning nim demoqchi bo'lganligini anqirib darhol Meni afo qilgin. dedi. Bek kechikdim. Haddingdan oshma. Çolpan Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Lekin bizning muhabbat rishtimiz bog'langan edi-ku. Shak shubi so'ygin o'ltirdi. Mening ahvolim ehtiyotchan bo'lishga majbur qiladi. Asabiylar nurg'un odamlarimizni o'ltirib etdi. Lekin men seni yaxshi ko'rib qoldim. Çolpan beşini tik tutup keskin aldı, Bugun kechisini ko'rgim yo'q. dedi. Bovdin ichida o'ylab o'tdi. Ajoyib ish. Bu qizning oltirang sochlarini tutib, tapınning ostiga ilib tasivitishga, nimani xohlasa shuni qildirishga kuchi yetadi. Lekin qalbi uningga bo'ysunmay o'tdi. Uning ajoyib go'zal jamoliga, qiliqlariga, o'tkir, ochiq-yo'riq so'zlarga ram bo'lib qolgan edi. Çolpan, men sana kuyib qoldim. Sen bana razılık vermekçi ketmeymen. dedi. Uningga keyinni qilib turgan Çolpan Arqadan xoin o'qitishga bek ustozlar, bilaman. Lekin men hozir aram elish uchun xonamga chiqib ketaman. Güzel Melikem. deb yolvordi. Men Malika emas. Bichora kichik Malika qo'rqinchoq mushukka o'xshash taqqa qechib ketdi. Men amaliyotda bu qasr harmining g'o'jidori. Xolisang meni bu qasrning xonimi deb bil. Beg va oilasini orqamda o'ynatatdim. Mening kimligimni endi bilgansan? Ular uzundan uzun paranglashdi. Taki Çolpan qasr aholisining qochib taqqa ulashganligiga ko'z yetgunga qadar. Uning plani amalga oshgan, bu qasr va aholisi uchun mas'uliyatini ado qilgan edi. Endi uning erkinlikka chiqadigan vaqti kelgan edi. Çolpanning atrofida yuz bergan tragediyalar urush jarayonida izzat, qadr-qimmatning dafsanda bo'lishi,
Hakim mahkeməsinin yıqılıb yana qayta tiklenişi, hakimlarning almışışı, zəfər və məğlubiyyətlərinin vəfasızlığı, təşvişlik, piğallık, yığızarlıq, bidar keçilər uni bəkli charchatqan edi. Bek ketdi, qaytib kelmedi. Mustafa ketdi, qaytib kelmedi. Öpçörüski dünya hayvanatlar çepişip kişnişidigan, qarın yerib qan yalaydigan, zeminni bulg'aydigan hayvanatlar dünyası aylandı. Bütün bulardan qutuluşni, yenikleşni arzu qılatdı. Keyni qarabmı qoymasdan Melike'nin ucursuğa, bu həşəmətlik, mamuk və tavardurdurlar bilan bezilgan ko'z qamaştırğıcı ucuruq kirib ketdi. Yasadaq karvatqa özünü tashlab yatdi və ümitsizlik ichida o'xtardi. Tamda qizil, seriq sho'lular o'ynab turardi. O'zini giganat chaqlaydigan bog'dan eshik oldida bir lolma itdek kuchlanib turardi. Cho'lpon uning urush maydonlarida yurib, unutilib ketgan eski qo'llarini o'ynatgan edi. Kirsem bo'lamdi. Ishni tezdan taqib et. Bog'dan ixtiyorsiz buyruqni baja keltirdi. Birdamdan keyin o'zining eshik oldida yolg'iz turganligini ko'rib, cho'chib ketdi. Hayasız hissiyatları quturdi. Eshikni ochib, buqadek ustli ichkari kirdi. Cho'lponning uning bilan kari bo'lmadi. Kilipli qo'lini tutgan edi, yenikkini ittirib etdi. Bugun kechisini ko'rgim yo'q. Nega borman emsa? Bütün qasr sening ilkingda. Bu hujradan boshqa xohlagan bir xonaga kirib yatsang bo'ladi. Sizchu? Cho'lpon o'yir turgan yeridan vaqirdi. Meni vaqtliq havoyi havasing uchun istaysan. Bog'dan nima deyishini bilolmay turib qoldi. Cho'lpon gapini davom qildi. Bo'ladi. Mening bilan to'y qilgan bo'lsa, amsa Xitoy uning cho'chib qaragandi, gapini to'xtatib oldi. Nima qilay? dinimga kirsan. Diningiz nima? Musulmonlik. Lekin men degan kommunist. Dinlardan nafrat qilaman. Menmu o'z yaratquchisiga ishonmaganlardan nafrat qilaman. Sen qo'mondonning oldida xuddi namozda turgandek adab bilan, hurmat bilan qo'l qo'shtirib tursan. Lekin nima deb seni yaratgan zotga itoat qarzini ado qilishdan bosh tortsa? Bog'dan kelangsiz bedenini yenidagi o'ringa tashlab o'tirib javob berdi. Men yaratquchini bilmayman. Bilishing kerak. Merkezden mening bu mutassib qarashlarga ishonganligimni o'qib qolsa, jinim omon qolmaydi. Maxfiy bo'lishini umid qilsan deyli. Shundoq. Ma'qul. Deganingdek bo'lsin. Maxfiy tut. Amsi keling ha. Nima? Ayxotuluğumuzni boshlaylik. Murosimlar bor tehi. Deyishing kerak bo'lgan ba'zi kalimalar bor. Tushunishing lozim bo'lgan oddiy qoidalar bor. Bog'dan siqilishga boshladi va cho'lponning qochish o'rnatamdikin deb o'ylab qoldi. Shunga talablarini ko'paytib, uning xiyoliga kelib qolgan ishlarni qilishga majburlayotgandek tuyuldi. Nimaga buncha avvar bo'ldi? Qandoqsiga hozirg'isi chididi? Oxiri ichi pushib. Seni bir qo'yni so'ragandek qarorgohimga so'rab opirib, xalqimni qilishga kuchim yetadi. Dedi. Qila olaysan. Dedi cho'lpon mansitmagandek mo'risini qo'yib qo'yib va bir oz arsaldilikdan keyin davom qildi. Kuching yetadi. Lekin o'chaqda sen muhabbat sharobini ichkizadigan ayolni topolmaysan. Xuddi shu qo'yga o'xshash bir vaqt mazalik tomoqqa aylanaman. Bir ayolning teni bilan bir qo'yning teni orasida qanchalik farq borligi sen ayon. Bog'dan sizlanib o'tirib qoldi. Ajoyib ayol ekansan. Men bu shaharda yuzlarcha odamga o'lim jazosi berdim. Eğer ayol demay o'z qo'lim bilan o'ldirdim. Lekin sana hech ish qila olmayapman. Buni o'zim hayron bo'lyapman. Xushonlarlik ish. Dedi cho'lpon kulimsirab turib. Nemishqa? Chunki sen yirtqich hayvondan tadrijiy holda insonga o'zgaryapsan. Tilimni yig'. Deb vaqirdi. Qotillar va zolimlar inson emas. Sening o'tmishing yo'l to'sar qaroqchilardan farqsiz. Men jasur erkak bo'lishingni umid qilaman. Erkak. Erkak kelimasining ma'nosini bilamsan? Bog'donning nazarida erkak degan soqol burutliq, jang qilib safar quchadigan, xohlagan narsaga ega bo'la oladigan, boshqalarni o'ldirib, urib so'qib, g'animatlarga ega bo'ladigan, boshliqlari va raislari tug'ilgan shuarga tug'iladigan, qaysidan qaysi irqqa tava bo'lishidan qat'iy nazar ayollar bilan ko'ngil xo'sh qiladigan bir maxluq. Bu ayolning bular bilan nima ishkina? Albatta, dedi cho'lpon uning bir qadah mesunib yaqinlashgach. erkak bilan hayvonning orasida farq bor. Kishilarning hammasi mening kimligimni biladi. Bu odamlarning bir qismi sendan qattiq qo'rqadi. Yana bir qismi sening qo'l ostidagi askarlar.
Şuna sen ulardan faqat ko'nglini xush qilgan gaplarni anglab tursan. Bog'dan cho'lponning mo'rilarini qattiq siqib turib, Meni nima qil deysan? Visalimizning prinsiplarga uyg'un bo'lishini umid qilaman. Lekin kuchliklar ojizlarni yengib olgandan keyin belgilab qo'ygan xato prinsiplar bo'yicha emas. Seni yaxshi ko'raman, cho'lpon. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi deb shahodat keltirishing lozim. Bo'lmasa to'ylasha olmaymiz. Seni yaxshi ko'rganim uchun nima qilsang shuni qilaman. Kelima shahodatni ayt. bog'dan kalima shahodatni aytdi. Cho'lpon Askarlaringni odam o'ldirishdan to'sishing lozim. deb qo'shib qo'ydi. Ma'qul, deganingdek bo'lsin. Bilaman, qo'rsqinlar ochdi, herib ketdinglar. Amonliqlarni va ayollarni orzulaysizlar. Agar bularga erishishni xohlasanglar, adolat bilan hukm qilishinglar kerak. Qalbinglar talon-taroj va vahshiylikning bahonasi bo'lolmaydi. Qattiq qo'lliq va vahshiylik o'chmanlikka yo'l ochadi. Saodatning puruqini puriyolmaysizlar. So'zlaringni yoqtirib qoldim. Dedi bog'dan. Әмісә, маны әмбі hürmetki ərzügidek biri buldum. Sarayga yaqin yerdə Molla Abdurrazaq ismli bir ölüma var. Berib onu bu yerге başlap gel. Onun huzurida şahadet etkin. Hikayemizni okup koysun. Bog'dan o'ng'aysizlik his qilib, nima qilarini bilolmagandek bu yoqqa qarashga boshladi. Uni ko'rgan cho'lpon o'rnidan chachrab turib, qora choyshabni elib kuchsiq artdi va Sel saqlab tur. Hazır onu başlap gelme. Qochib endigichi bo'lma. dedi bog'dan uyqusidan uyg'ongandek cho'chib. Agar shunday qiladigan bo'lsam, butun shaharni qon ko'liga aylantirib o'taman. Cho'lpon uningga ranjigandek qarab qo'ydi. Ağzını yumup jim o'tir. Bir necha kundan keyin Qumul xalqi cho'lponning qo'sh atli hashamatlik ma'bad ketib borganini ko'rishdi. Atrofida bog'donning askarlari bor edi. Yo'ldan o'tganda hammaylar yo'lni bo'shatib, yoqqiga chiqib turishga majbur edi. Bu bog'don bilan to'y qilgan edi. Bu to'yni Qumul xalqi undoq oson qabul qilolmaydi. Parda kainatga sirlar oshkora bo'lmaganligi uchun xalq uni pastkash, buzuqning o'rnini ko'radi. Agar Xitoy ofitser uni majburiy xotin qilib olgan bo'lsa, buni to'g'ri tushunishadi. Lekin xalqning nazarida u o'zini bu kafir ishg'olchilarga sotgan, oshiqi Mustafaga osiylik qilgan holda xoinlarning safiga qo'shib ketgan edi. Uning haqidagi so'z-so'zaklar hamma yerda tarqalib ketgan edi. Uning Xitoylar bilan bo'lgan sirliq munosabat haqida yuzlarcha farazlar o'tirib chiqdi. Lekin hech kim yaqindan beri Qumullar qatli amning to'xtab qolish sababi haqida o'ylab boqmaydi. Cho'lpon rangi-ro'yi azroq tatargan bo'lsa-mu, lekin yanala jazbdor edi. U Xitoylarning yig'ilishlarida paydo bo'lishga boshladi va u so'rinlarda hamma uni hurmatlashadi. Bu ishlar yerli xalqni hayron qoldirgan va g'azablantirgan edi. Qo'zg'olon boshda g'alaba qilib, Kashgarda Xo'janiyaz boshliq jumhuriyat qurilib, Xitoylar mag'lubiyatining ta'min etilgan chog'da Xitoy harbiy kuchlari har tarafga chiqa boshlagan edi. Bog'dan Urumchiga qochgan bo'lib, cho'lponni birga elib ketgan edi. Qumul xalqi uning Qashqargan vaqtida bog'dan bilan birga qochib ketib borganiga shohid bo'ldi. Uningga la'natlar yog'ishga boshladi. Ayollar uning keynidan tükürishadi. Ba'zi bolalar qahramonlik qilib uningga tosh etilib ketishadi. Jallod Shansay bilan ruslar o'rtasida ittifoq tuzilib, aeroplanlar, tanklar kelishga boshlaganda ahvol o'zgardi. Qo'zg'olonchilar chekinishga majbur bo'ldi. Hukumat rahbarlari va inqilob yo'lboshchilari qo'lga olindi. Dini islom, xalqi musulmon bo'lgan Sharqiy Turkiston tuprog'ida Xitoy va Rus kommunistlarining hokimiyati ustunlikka erishdi. Bir kuni kechda bog'dan qaytib kelib, cho'lponning yig'lab o'tirganini ko'rdi. Nima yig'laysan, cho'lpon? İnsanlar ölüp atıdı. Ben urushga pek üç buldum. Qo'rqyapman. Nima amal? Dedi siqilib. Ular bizning odamlarni o'ldirdi. Biz ularnikini o'ldirmiz shu. Cho'lpon ko'zlaridan yosh to'kib turib so'zlashga boshladi. Sening yurtingga qaytishingni umid qilgan edim. Menmi birga ketsam, baxt, saodat va qanoat ichida odamdek yashasak. Bog'dan uning Xitoylarning o'z vatanini vaqtlik holda ishg'ol qilishga bo'lgan noroziliklarning yana bosh ko'targanligini tushundi. Hech tuyg'usiz bir ohangda sovuqlik qilib, Qara o'g'lim,
Bu degan cho'nglarning ishi. Meningdeklar talash tartish qila oladigan ish emas. Armiya har vaqt yuqorining buyrug'i bo'yicha harakat qiladi. Dunyoning ham yerida bu shundoq. Siyosatga kelganda to'g'ri xato deb gap bo'lmaydi. Dedi. Tamakisini bir şurutib, özgen aldı sözünü damlaştırdı. Shunchalik charchadimki, Arını bir az sükut bastı. qumga qaytishni xohlamsan. U yer hozir tep-tinch. Qo'zg'olonchilar mag'lub bo'ldi. Bizning hokimiyatimiz qayta tiklandi. Meni hech kim tanımaydigan bir yerlarga ketkim bor. Dedi Çolpan ko'ngli to'lib perişan aldı. Bundoq o'ylashimning sababini tushunaman. Dedi Çolpan'ın yüzünü siylab turib. Qo'ling tart. Nemishqa? Begunoh insonlarning qiyni bilan bo'lgandi bu qo'llaring. Mening ko'zim hech nima ko'rinmaydi hozir. Qanday qilamiz? Yer ichida g'an yaratilib ekanmiz. Yeyish, ichish uchun urush qilar ekanmiz. O'lar ekanmiz. Sen meningki Cho'lpon, seni suyman. Birdemlik jimjitlikdan keyin yana so'zlashga boshladi. Men sening ko'zingda kimman? Sen bir mahbus, kesel, her alda azob chekayotgan bir inson. Bu gapingdan xush bo'ldim. Dedi razımanlik bilan kulimsirab. Qandaqsiga? Dedi hayron qolgan Çolpan. Chunki sen meni dushman deb qaramaydi ekansan. Sening dushman ekanligingda shek yo'q. Peshonamga shu putilib ekan. Deb pichirlab qo'ydi Baldun. Ko'ngli yerim edi. Çolpan kulib ketdi. Buningga yaqinroq kelib. Senden ayrılışını talep qilsam qana qilsan? Nima? Cho'sh vaqirab ketdi. Ajrashib ketsak demakchi. Nemishqa? Chunki sen musulmon emas. Unutib qoldimmi? Mullalarning deganlarini bir-bir bajo keltirdim-ku. Lekin kofirlar talab turib urushyapsan. Men faqat qo'shindagi bir askarman xolos. Bu qo'shin Allohni tonimaydi. Deb vaqirab ketdi. Tamga zardi bilan mushtavatdi. Biz to'ni tushqa tirishib baqsaq bo'lmamdi. Nem foydasi? Masxirlik holda mo'risini qo'yib qo'ydi. Baxt saodatning yo'lini o'gitib qo'ymiz emasmi? Ah, millatlarcha kofir bor. Ularning soni mo'minlarnikidan jiq, azaldan tortib shundoq bo'lib kelyotidi. Bu ishlarni qo'y, bekor o'zimizni qiynaymiz. Baldun bo'g'ziga teplashib qolgan tugunchakni yuturtib, Agar ketishni gapini taqdir etmay turib, Çolpan unga yaqinlashdi va Seni yaxshi ko'raman, lekin xalqimdan bir kishining o'limiga sabab bo'lib qolsang, yaningda bir minutni turmayman. dedi. xotirjam bo'l, o'g'lim. Mening vazifamning amaliy urush bilan aloqasi yo'q. Men hozir oziq-tulik to'shish ishiga mas'ul. Qisqasi Xitoylarning ishi emas hozir bo'layotganlari. Ruslar hamma ishning tizginini tutib turmoqda. Baldun masxirlik qilib qo'yib davom qildi. Yana tahi shaytonga setilgan Turkistonliklarmi bor. Ular o'z xalqini o'ltirib jahondagi eng qabih jinoyatni ishlayotdi. Buni bilmabsan? Çolpan yüzünü yastıqqa cho'mkab, bo'g'ilib yig'lab ketdi. To'rt tarafı yap-yeshil, turlik o't yosh, xilma-xil mevalar yetishadigan, kan boyliqlari mo'l bu jannat kabi vatanim do'zaxga aylangan edi. O'z xalqi ichida vahima, andisha va o'lim hukm surgan. Tajovuzchi yot toiflar bo'lsa, ko'ngli xush qilib, xotirjam yurishgan bir zamonda inson qandoq yashasin? Ona vatanda g'aribsinib yashashdan ortiq alam bormi kishiga? To'g'risi, Turkiston to'niqsiz holga kelib qolgan edi. Buning puchqoqlargacha qaroqchilar, qotillar va turumlar bilan to'lib ketgan edi. Ajablanarliki, men tehayat edim. Allohning irodasi. Bek oz masjid qolgan edi. Sanoqliq bir necha yashagan kishilar bu masjidlarga maxfiy oldi berib, namozlarini bo'sh ovozda ado qilishadi. Shundaqdimi, jasuslarning kuzatishidan qutulolmaydi. Bu yaşanğanlarning o'zlariga biror yomonlik kelmagandek ko'ringan bilan, o'riq tuqqanlariga ziyonkashlik qilinishi har zaman qosh bilan kirpiklarsidagi ish edi. Teatrxonalarga, soqchixonalarga o'zgartirilgan masjidlarning yonlaridan o'tganda, tomlarni siylab, yoshirincha yosh to'katdik. Oshkor yig'ilganlar
o'zlarini o'limga tutib bergan bo'ladi. Men u shahardan bu shaharga ko'chib yurotdim. Har qatim o'raga yo'tkiganda ismimni yo'tkaytdim. Ah, bu aslimlar bek ko'nrapti. İşletken ismlarimni unutib ketibdiman. Urumchi kelgan chog'da ismimni o'zgartirishning yetarli bo'lmaydiganligini bayqadim-da, hammallik qilishga boshladim. Bir eski tag'arning latisini uchamga artdim. Qo'limda 2 tal to'mir ilmek, saqal burtumni bo'lishga qo'yib etdim. Putlarim yerilib, 10 yil yalang oyoq yurgan odamninkidek bo'lib ketdi. Hech qanday gap so'z qilmaydim. Chunki gap qilish jarayonida ancha-muncha o'rinliq gap qilib qoldingizmi, salohiyatınız oshkorlanib qoladi. Kech bo'lganda shahar chetidagi tashlandiq zay hujramga qaytatdim-da, Allohga ibodat qilatdim. Yuzlarimni ko'ydirib eqayotgan yoshlarimni farishtalarning suratayotganligini his qilatdim. Madaniyatimiz to'zib yo'q bo'lib ketyotdi. Ruslar minglab, 10 minglab kelyotdi. Xitoylarmi buningdan qilishmaydi. Hatto Turkistonliklar bilan Xitoylar orasida majburiy to'ylashishlar bo'ladi. Sheng Say Stalinning qashiq berib uningga yalvirib yurib, kommunistik partiyaga a'zo bo'ldi. Qaytib kelibla Xitoyning raisi Jiang Zeminga xat yozib yordam tiladi. Biz 2 to'mir tapan orasida ezilyotdik. Deganimdek ammanlik qilyotdim. Her kuni vatanimizning har xil boyliqlari Rossiyaga mangdigan yo'g'on mashinalar bilan poyezdlarga to'shilatdi. Hamma narsa to'shilatdi. Kon boyliqlari, meva-cheva, chorva mol, ziroat. İşğalçı Xitoy va ruslarning yig'ilib ko'ngil ochadigan ba'zi yerlari bor edi. U yerlarda kecha-kechalab naqsha aytib, usul o'ynab, aroq ichishadi. Meni hayron qoldirgani bu yerlarda amal mansab tamasida vijdonini, dinini setib, ishg'olchi dushmanning yomon niyat, shum g'arazlari uchun xizmat qilayotgan xoinlar shunchalik ko'p ediki, ular bir kechadala boshqacha insonlarga aylanib qoladi. Ularning chiroylariga qaraganimda Turkistonlik o'xshamay qolganligini his qilatdim. Yep ichish, kiyinishlardan tortib, o'ldirib qo'pishlargacha hamma narsasi o'zgargan bo'lib, hamma ishda xo'jayinlari bo'lgan ishg'olchilarni, bo'libmi ruslarni taqlid qilishadi. Kishini yergandirib, gap qilganda rus so'zlarini aralashtirishlaricha tehi. Vatanimning ishg'ol qilingan holiga har qatim qarg'animda dahshat bosadi. Turkiston qachonmi o'zining noznindek jalbkor, pok beg'ubar va sop holatiga qaytara? Ümitsizlik yürəkimni mucitdi. Künde maşina toşuğan yükler tinimni alsıratqandan sırat qalbimgimi ar kelishga başlagan kunlarning birida aylanib yurib buni ko'rib qoldim. Tuyuqsiz kelib qolg'achqa ixtiyorsiz olib to'lab soldim. Cho'lpon bir Xitoy haydab ketib borgan arva to'xtadi. Uning tatirib ketgan chiroyiga birla qaradim va o'shimga kelib yuzimni boshqa tarafga burib oldim. Qechib ketay deb mangan edim, lekin harosi bilan yo'limni to'sib meni tutib oldi. Menga tuyg'usiz so'q nazar bilan qaradi. Mening keynimdan saraygacha kel, dedi. Qo'lim titrab, tilim kalvalashib qolgandi. Arallah, men sizni tonimayman. Men asli deyaladim. bizniki kelasan. Bolding begimga bir xizmatkor kerak edi. O'zi hozir Urumchida emas. Cho'qim kel, dedi keskin buyruq talaffuzida. Hushimni yig'ib, nima ish bo'lganini anqirib bo'lguncha yasadaq paytdan ketib qoldi. Minishdan burun turalg'usining o'rnini qisqishi deb bergan edi. Qorong'u, zay bosgan hujramga qaytib keldimda, namoz o'qib, yig'lashga boshladim. Ko'pincha vaqtlarda o'limning yashashdan rohatroq ekanligini his qilatdim. Chunki o'liklar hammadan bexabar edi. Yana ba'zi vaqtlarda qalbim keskin ishonchga to'ladi. İslam zafar quchadigandak, mutlaq hurriyat yetib keldigandek o'ylaydim. Tushkunlik va umid qaynimida tanirqab qolgan edim. Ya mang'adigan yo'lini, ya panohlanadigan joyini topolmay tinib qolgan bir bechora edim. Eski maynat kiyimlarim bilan borolmaydim albatta. Ammalliq kiyimlarimni selib etib, usti-beshimni beg qasrining qo'g'disiga loyiq tuzashtirdim. Garchi u begning davrining sarayini izlab tepish tasga to'xtamadi. Saray varang-churungdan xoli tinch bir yerda. Qo'g'dug'uchilarimi oz edi. Hech kim yo'limni to'simadi. Ishik baqar usti-beshimga qarab qo'yib, "Xonim bilan ko'rishga keldingmi?" deb so'radi. Qo'rqib turib beshimni lang'ishdim. Allohga shukr. Ismimni so'rab qolmadi.
Gerçi ismimni anglasimigo cho'ngish bo'lib ketishi natayin edi. Lekin dushman g'aljirlashsa nima ishlarni qilib o'tganligini bilgili bo'lmaydi. Ta'limga saroy odamdan xoli edi. Ah xudo, men nima ish keldim? Nima deyman uningga? Tungungi mashqum. Bugun bo'lsa bu saroyning xonimiga aylangan ayolning xizmatkori bo'lishini qabul qilamdiman. Uning jamiyatdagi o'rni yuksalib cho'qiga yetgan. Meni bo'lsa xuddi boshqa qo'zg'olonchilarga o'xshash o'lim tumsqilab yurayotgan tursa. Lekin qattiq qiziqish meni yetlab mush yerga kelgan edi. U qizil maxmalda qoplangan divanda o'ltiratdi. Badaniga yepishib turgan qop-qora ko'yniki uni texim jazbdor qilayotgan edi. Cho'lpon bek o'zgarib ketgan edi. Qaramoqqa parishon, sulg'un, lekin mag'rur ko'rinatdi. Yoshlarcha jo'shqinlik, sho'xliqdan asar yo'q. Pishqon, nazin cho'kaniga aylanib qolgan edi. Uzun bo'ldi. Seni ko'rishni arzu qilib yuratdim. Uning qarab qo'ydim, ammo javob qaytarmadim. Seni urushda o'lib ketdimikin debdiman. Sukutni davom qildim. Gap qilmoqchi bo'lgan bo'lsam-mu, qila olmadim. Ümidsizlik insonga hamma ishni qilg'izdi ekan Mustafa. Mening og'zimning ochilishini kutib baqdi. Foydasi yo'qligini ko'rgandan keyin o'rnidan turib davom qildi. Jang maydonida o'lib ketganlarga shunchalik hurmatim bor. Hech kim darg'a esilib yoki turmada qiynalib o'lib ketmasa deyman. Jang maydonida oxirgacha kurash qilib o'lib ketish hargizmi dushmanga tirik tutilib qolmaslik kerak ekan. Oxiri jur'atga kelib, "Ammasi o'zing nima ishga tirik taslim bo'lding, Cho'lpon?" dedim. Oxir gap qildim. Achchiq kulib qo'ydi. Men qilganlarimni aqq chiqarmoqchi emasman. Bek qasri dushmanning qo'liga tushganda qasrdagi odamlarni qutqizishni o'yladim. Hamma tajovuzchi Xitoyning ko'ngil xush bo'lishini xohlamadim. Shunga birisini tanlab, shuning bilan to'y qildim. "Qanday to'y qilding?" dedim hayronlik ichida. Xalqlar qanday to'y qilgan bo'lsa, men shunday to'y qildim. Islomni qabul qildi va meni nikohiga oldi shu. Hasrat bilan o'xtat davom qildi. Bu shunday ajoyib oddiy, ammo echinishliq. Uning menga qiziqib qolganligini ko'rganda shartlarimni o'tirib qo'ydim. Uning islomni qabul qilishining bir ko'rinish ekanligini, nuri o'chgan chiroqdagi bir ishliqini bilaman. O'zimni va uni aldayotganligimni bilaman. Lekin sana qanday tushuntirsam bo'lar? Tayyorliqsiz edim. Chilbirlar har tarafdan xiris qilib kelayotgan edi. Shundoq bir chog'da meni amriga oldi va meni qo'g'didi. Hozirgacha yaxshi ko'rdi. "O'zing yaxshi ko'rmaydigan birining qo'ynida qanday yashay olding?" dedim ajablangan holda. Masxaralik oldi mo'risini qaqib qo'ydi. Xuddi vatanim Turkistonning ishg'olchilarining tapini ostida yashayotganideklar. Xuddi sening Xitoy va ruslar ishg'ol qilib olgan Urumchida yashayotganingdeklar. Ruhsiz badandek. "Ruhsiz" deb pichirlab qo'ydi va davom qildi. To'g'ri, qizg'inlik va muhabbatni yo'qotdik. Shunga yeb ichish, o'ynab kulishlarimizning hammasi ruhsiz. İçimizga ruh bo'linishini saqlayotgan mum haykallardek mengib yuramiz. Yog'och yoki tunukidan yasalgan, ovoz chiqara oladigan chiroyli yapon qo'nchoqlarga o'xshash. Haqiqiy hayot deydigan narsa mavjud emas. Kulkimiz, yig'imiz, hislarimiz xuddi teatr artistlariningidek. Tushundingmi Mustafa? U zarbi bilan chavuk chalgan edi, Xo'jador darhol yetib keldi. Cho'lpon meni uning tanishtirib, Bu qo'g'duvchi xodim ismi Tursun. Uni pozur kiyimlar bilan Baldon begimning sarayga loyiq kiyindiringlar. Endi ismim Tursun bo'ldi. Baldonning sarayida aylanib yuratdim. Mas'alasdek harakatlarim qo'llashmaydi. Sarayning xonimi Turkistonlik Nazinin mening yurish turishimdan xotirjamdek ko'rinatdi. Xizmatchilar hujrasida yillardan beri uxlay olmagan xotirjam uyquni uxlab oldim. Dumbam texich og'riyotgan bo'lsa-mu, turk ammami og'riqlarimni xilal yenglatgan edi. Saqal burtumni tushirib o'tib, aynakka qarab turib qoldim. Yoshligim qaytib kelgan edi. Tog'lar bilan vidolashganimga qaramay, ko'zlarimda tog'chilarga xos isyon chaqnaydi.
Çolpanni xiyal qilishga boshladim. Uningga bo'lgan tuyg'um xuddi ayoli boshqalar tarafidan dafsanni qilingan erning tuyg'usi edi. Çolpan düşman tarafidan ishg'ol qilingan shaharga o'xshab qolgan edi. Ishq muhabbatdan so'z ochib, vatanning bulg'anishiga ketdim. O'zimning tafakkurining texin normallik qaytmaganligiga kulgim keladi. Әтісі Çolpan өзінің ясыдақ пәйтініғы білі чықшымын талап қылды. İşğalçılarga xas болған, quyuq dal-daraxt, gül-giyahlар bilan qaplangan bir yerdə düşdük. Həmmisi Çolpanını tanıydı. Dərhal kelib qarşı elib, yollarını boşitib, paypetek bo'lib ketishdi. Peytundun tushib, baraqsan o'sgan daraxtlar, öppida ichilib ketgan gullarning orasidagi bir chig'ir yo'lda minishga boshladik. Men uning keynida jimjit mingatatdim. Meni g'ururini va iffatini yo'qotdi deyishidi. Dedi bir tal shoxni sundirib olib o'ynayot. Sulg'uy yuzini petayotgan quyoshga qaratib turib, yana pichirlab davom qildi. Qubunliqlarning orasida o'sak so'zlar bek oson tarqaladi ekan. Nimishqa mening hikoyamga shuncha ahamiyat berib qiziqib ketishadigandu? Bey qasrdagi oddiy bir xizmatchi edim u. Yaqinlashib qo'limni tutdi. Sana to'y qilaysam unimaganding-ku. Bu chaqda safar vaqti edi. O'limning bo'sog'isiga kelib qolgan edik. Achchiq kulib qo'ydi. O'limning bo'sog'isi emas biz. Sen ishg'olchi hukumatning qancha kishiga o'lim jazosi berganligini bilamsan? 100 mingdan ortiq. Hayron qilib so'radim. Sen elimi qo'zg'olongni va shehidlarni o'ylamsan? O'ylasam bo'lmamdikan? Dedi zarda bilan. Sana o'xshashlarning bunday ishlarni o'ylag'idek cho'lsa bo'lmas. Sana o'xshashlar Turkistonlik musulmonmi? Yana sukut hukm surishga boshladi. Sovuq shamol chiqyotdi. Quyosh o'ltiray deb qolgan bo'lib, oxirgi nurlari zaminni ajoyib bir g'ariblikqa cho'mkigan edi. Yiroqdan ko'rinib turgan masjid munarlari hayvitini saqlab tik turayotgan bo'lsa-mu, qadimiy kuyga tankash qilayotgandek muңlib qolgan edi. Masjid gumbazlari xuddi men bir kuni hayvonot bog'chasida ko'rib qolgan toshbaqaga o'xshash uxlayotgandek edi. Zamonaviy binolar biz tarixchilik qildigan tog' bag'arlariga o'xshash qator-qator tizilishib turardi. Ammo shuncha ma'nisiz. Uni o'ldirishni o'ylagan edim. Dedi Çolpan bir tal qizilgulni uzib olgach. Kimni? Bog'doni, erim Bog'doni. Nimishqa? Shunday qilishni mening vazifamdek bilganim uchun. Lekin sendan so'rab boqay. Mening uni o'ldirganim yaxshimi yoki tarbiyalab ko'ndirganimmi? Ko'ndirganning nima foydasi? Hamma yer qushxonaga aylangan tursa, dedim o'ramni qiqib qo'yib. O'ldirishning nima foydasi emasa? Sendan mening nima qilishim kerakligini so'rayapman. Intiqom. Lekin men uni ko'ndirish orqali texmi ko'p foydaga erishdim. Xonim, dushmanning na aytgan gaplariga, na qilgan yaxshiliklarga ishongil bo'lmaydi. Hammasi yolg'on, saxta. Dedim sovuqqina. Sen shunday o'ylamsan? Dedi menga dahshat bilan birni qarab o'tib. Senatchi men qiyin qistoqlardan qutulish uchun o'zimni mushundaq sabsatlar bilan aldab yuribdiman-da. Hayot qilish uchun. Beshimni langishdim. Qo'mulliqlarning sendan nafratlanishning sababimi dal mushu. Ko'zlaridan yoshlar yepi uzilgan marjandek to'kilib ketdi. Yanimga kelib, meni yenik silkib turib. U ahmoqlar bilmaydi, tushunmaydi. O'z vaqtida beyning oilasini qutqizishim kerak edi. Buning uchun badal to'lanish kerak-ku. Badal. Hammamizga jon totliq, o'lishni xohlamaymiz, dedi. Yoshlari qurishga boshlagan edi. Sen-chu, Mustafa, sen qanday o'ylaysan? Tursun, ismim Tursun. Burun qismimni unutib ketayli. Sen qanday qaraysan? Ochiqini aytsam, tog'dek azmatlar bilan bo'lishib yegan bir-birda qattiq non, sening bu saroyingda har kuni bo'g'izlangan 100 qo'chqardan yaxshi mening uchun. Yomg'ir tomchilashga boshladi. Havo bayamqidan sovib ketgan edi. Simsim yomg'irning yenik tevishlarini anglab birdam turdik. Oyoqlarim putimni qistavotgandek. Puzur yeşil paltoyimning yoqsi kelimni bo'g'ayotgandek his qilyotdim. Bu kiyimlar garchi meni issiq tutayotgan bo'lsa-mu, siqilib, o'lib qoldigandek tuyulayotdi. Bundaq tuyg'uda bo'lmog'li uzun bo'lgan edi. Mustafa, Xizmatchingiz Tursun. nega? Azmatlar bilan bir-biridan nonni bo'lishib yegan tog'bag'irga. Bundaqlik kessan bo'lmaydi. Ishlarni oqilona bir taraf qilishimiz lozim. Bog'ding safardan qaytib saroyga kelgan chaqda yo'shirinib turdim. Lekin uning saroyga kirar-kirmas och ko'zlik bilan qo'riq bosgan qisiq ko'zlarini paqirtib Çolpanni izlayotganligini ko'rdim.
Uni ko'ribla quchoqlab suyishga boshladi. Atrofida parvonadek chirgilaydi. Cho'lpon kulimsirab tursimi, ko'zlarini uyoq-buyoqqa yugurtib, mening ko'rib qolishimdan ansirayotgandek qarayotdi. Kelganimdan hoş buldun mu? Uningga qaramasdan javob berdi. Bak hoş buldum. Lekin istihbaratnikiler yüzlep adamlarını öldürüyordu. Bu degen başka iş. Nemiş hazır bu işlerini oylap yürüysen? Bu işler bilen benim alakam yok. Boldan, senin nimişki meydanın yok. Benim meydanım inek. Meydanın nime emse? Sen bana uval kılıvatsın. Benim meydanım hizmetimni kılış. Hizmetini kılıç bilen mesuliyetini ada kılışın farkı çoğun. Hizmetim del benim mesuliyetim. Ben sizin bir insan buluşunu ümit kılımın. Konu talaş tartıştığımız yeni başlandı o. Haqiqiy bir insan azaplangan, zulümge uçragan mazlumlarning qayg'usini his qilish kerak. Bilişim lazım. Dedi küçük telaffuzda. Sen mezlum degen o kişilerinin eğer ağam sözlere koyup verilgen bolsa benimmi senin cinimizin ağam bulattı. Bu muhim emas. Dedi g'alati bir temkinlik bilan. Muhim bo'lgani mas'uliyatni ado qilish. Ben kim idim? Vaqirab ketdi. Ben fakat bu çok hoşundaki bir asker halas. Çok bir başında küçükini çıkacak. Seferden kaçıp gelgen yerini bu şunda karşı alam sen. Kel suyumlu gün. Xas ucurga kelib ketishdi. Bu mal'un xotin menimi, unimi tang o'ynab qoltiribdi-da. Agar uning yanında uzoqroq turib qolsam, butun o'y fikrim zaharlab bo'lgudek. Pokliq yanada mo'rilari quralasqan, o'r azmatlar yashaydigan tog' bag'arlarda ekan. Mumkin bo'lsa, tezroq ketib olsam bo'lgudek deganlarni xiyol qildim. Tushlik tomoq vaqtida Bovding menga boshdan oyoq bir qarab o'tib, Yeni hizmetçi muşuşu mu? dedi. Ha. Nayt ishchan, ishiga sodiq biri. Sen nelik? İsmim Tursun, 6 oyliq. Dasturxon eng esil taomlar bilan to'ldirilgan edi. Sirtdagi bechora xalqimiz bo'lsa, daraxt yupurmoqlari bilan jon saqlayotdi. Ochliqdan supurindi non burdullarini terishatdi. Qo'rsiq ochib ketgan bolalar ishg'olchilarning uylariga yoki yuk mashinalariga to'shilayotgan ochliq bayliqlarga opqurdek ichilgan ko'zlarini mo'ldiriltib qarashib qoladi. G'azabdan beshim piyqirab ketdi. Ustalda turgan pichoqlarga ko'zim tushdi. Dal shu chog'da Tursun, sen çıkıp ketsen buludu. dedi Bovding seyliqqina. Oshxonaga yenib chiqdim, lekin g'azabim o'chmakda yo'q, texmi talavlashgan edim. Xuddi Gulxonning quruq o'tinni ko'ydirganidek nafrat o'ti yurakimni yalmab yo'tayotdi. Bularning din va aqidalarimizga qilgan razilliklari meni har qanday talavlikda yanmaydigan qilib o'tgan edi. Bu shaxsiy o'chmanlik emas, Allohning intiqomi edi. Düşmanlarımdan birinin uyida yaşayotdim. O mening dushmanimla emas, yana ko'ni mashqimni tortib olgan raqibim edi. Bu yerda biror yil turib qoladigan bo'lsam, ruhsiz qo'nchoqqa, cho'lponga o'xshash dushmanning o'yinchig'iga aylanib ketishim mumkin. Tinch hayotga, esil yemekliklar, pozul kiyim-kechaklar, 9 til bundoq xotirjam go'zal hayotga beqinib qilish insondagi isyonkor ruhni, kurash, jihad ruhini o'ltirib o'tadi. Yana bir mesele, Cho'lponning ko'zida g'alita, keskin intilishlar chaqnaydigan bo'lib qoldi. Uning bu beqishlaridan xijil bo'lib, ko'pincha vaqtlarda uningdan o'zimni qochirib yuradigan bo'ldim. Tunlarni bo'lsa, uni xiyol qilish va kullash bilan o'tkazib o'tdim. Bu uy ozdirg'uchi, gunohkor, la'nati shaytonlarning uyi edi. Tunigun bu uyda tons kechilik o'tkazildi. Cho'lpon albatta kechilikning chaqmagan yoldizi edi. Hammaylan ko'zini uningda uzalmaydi. Xitoy, Rus ofitserlarning hammasi uning bilan tans o'ynash arzusida edi. Eri g'arq masbog'ich ishdi, ammo saharga yaqin uni jiddiy bir ish bilan chaqirishdi. Qalin paltosini kiyib, alang-salang minib chiqib ketdi. Mush yer kelguncha ishlar odatdagi normal yo'sinda edi. Hujramda o'tiratdim. Cho'lpon kirib keldi. Kecha uxlamaganlikdan chehri texim sulg'un edi. Kiripli meni quchoqlab oldi. Lavlarini uzatayotganligini ko'rib, "Xonim, nashliq tayyorlamsam bo'lmaydi?" dedim. Nasibim yo'q. Hammasini xonimga emas.
Sarayning hamma yerida ko'z quloqlar bor. Men chidayolmadim. Bu nima deganing? Tushunmadingmi? Men xiyonatga o'ch. Mendek bir xoinning yana bir qatim xiyonat qilishi qanchalik ishdi? Men degan Allohni tunuydigan musulmon odam eridan intiqom olmoqchi bo'layotgandigando yoki men ich og'ritib shafqatni izhor qilayotgandigando yoki bo'lmasa ko'n muhabbat qaytadan yolg'onjaganmidi? Daqiq ichida kallamda nurg'un savollar paydo bo'ldi. Yalvurgandek qo'limni tutib oldi. Men o'zimning bardoshlik berolmay qolishimdan ansirab, uning qarashlaridan va tutishlaridan o'zimni qochirib turatdim. Tog' bag'ridagi erlar azob uqubat ochliq ichida ingrayotgandi. Dedi hayajonlanib. Ular degan haqiqiy erkaklar. Ularmi o'zlarining hayotini yashayotidi. Alloh ruxsat qilgan doirada. Echirqagan chilbördek ko'zlaridan o't chachirtib tahdid aralash mundoq dedi. Senden intiqom oladiganligimni bilsin. Mushumi sening muhabbating? Ha, Senmi mening intiqomdan qo'rqib qolmaydiganligimni bilasan. bularning qo'rqinchli qop-qorong'u zindonlarga tashlanganingda, beshingda qamchilar o'ynashga boshlaganda, mening yenimdagi minutlaringning qadriga yetishga boshlaysan. Men o'zimni o'limga atab qo'ygan. Dedim chunqur ishonch bilan. Sen o't bilan o'ynashyapsan. Sen mening haqiqiy erim. Lekin sen iymon keltirgan birining nikohida. Garchi ko'rinishida iymon aytib qo'ygan biri bo'lsa-mu, u yana sening halol ering. Endi bu yerga nima deb kelding? Bu savol bek tuyuqsiz kelib qoldi. To'g'ri. Nima deb keldim? Men butun hayotim bo'yicha bu tajovuzchi ablahlardan intiqom olishni o'ylab yashab kelgan edim. Lekin qani intiqom? Yuragim dupildab ketdi. O'zimdanmi yoshirishga tirishayotgan bir ish bor edi. Cho'lponni yaxshi ko'ratdim. Bu saroyga kelish taklifini qabul qilishimmi shu sababdan edi. Meni tashlab chiqib ketdi. U kun kechgacha uni ko'rmadim. Ishlar nemishqa buncha yomonlashib ketdi? Vatanimizga nemishqa yatlar hokim bo'lib oldi? Burun Qashqardagi bir masjidning xotibi menga mundoq degan edi. Hey balam, hey balam. İslam izzettir. Onu çın tutgan aziz bulur. Taşlap qo'ygan xor bulur. Vatanimiz g'aflat uyqusiga g'arq bo'ldi. Rahat perestlik, o'rinliq, beg'amlik, tartibsizlik avj oldi. Şunun bilen kişiler dindan asta-asta yiroqlashishga boshladi. Boylar haddilardan oshdi. Namratlar ularga bo'yin egishdi. Hikmet farosat ko'tarildi. Günah ma'siyatlar her tarafı yeyildi. Ey jinim balam, mana bularning hammasi zavolliqqa yuz tutishning muqaddimasi bo'lib qoldi. Meşruqdimi düşman, mag'ribdimi düşman. Ular qurol yaroq, fan texnika va odam kuchilariga tayanib kuchayotidu. Biz bo'lsak o'tmishdagi sha'ni shavkatlarimizga yo'linib, uni so'zlab og'zimizni tatliq qilib g'aflatda qoldik. Shalliq tariximiz bizning faxrimiz. Lekin birdan bir yo'lanchikimiz bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ey jinim balam, musulmonlar izlayotidi. Turkiyaga qarsa, u yerda urush va zulmat Turkiyani nihoyat holsizlantirib o'tdi. Arab qarindoshlarimiz bo'lsa, dushman otlari ostida yanjilayotidi. Kafir bedbaxtlar bir millat bo'lib uyushdi. Musulmonlar bo'lsa, baxtsizlik, bilarmanligimiz sababidan parchalanib ketdik. Mushu ahvollardan biz nimaning zafarga, nimaning zavolliqqa, halokatga yo'l ochadiganligini ko'rib olamiz balam. Bu so'zlar esimdan chiqmaydi. Xo'janiyaz hoji va Sharifxon to'ra doim takrorlaydigan boshqa so'zlarmi bor. Ular bizni rag'batlantirib turadi. Ajal yetib kelganda ular boshlarini tik tutib, mardonilarcha yuzlangan edi. Mening bu saroyga kelishim shaytonning o'yinlaridan biri edi. Ketishim kerak, darhol ketishim kerak. Lekin avval biror ish qilay.
Bu yerda zoya qilayotgan vaqtimning haqqi uchun biror ish qilay. Uningdan keyin tog'dek azmatlarning yoniga ketay. Anlasam, Qaysar o'g'lonlarimizdan Osman Batur azmatlarni yig'ib qo'zg'olonga tayyorlanayotibdi. Men bu yerda nima ish qilib yurayman? Iyri yo'q vaqtida cho'lpon ma'amga va yurkimga o'rnab ketgan o'y xiyollarimni o'chirishga urinib boqqan bo'lsa-mu, men qarshilik ko'rsatdim. Lekin cho'lponning jazbdorligi kishini o'ziga tortib turardi. Uningga qarshilik qilish oson ish emas edi. Bavdingni olqinida xohlagancha o'ynatqanidanla uning qanchalik yomon ayol ekanligi chiqib turardi. Bavding 2 kundan keyin harg'in, qapoqlardan muz yog'dirgan holda qaytib keldi. Cho'lponga bundoq deganligini anglab qoldim. Biz xatar ichida qoldik. Qanday xatar? Osman va qo'zg'olonchilar yana patsalik urush qo'zg'adi. Sen nimadan qo'rqsan? Ular bizni yengalaydi deb o'ylamsan? Sanoat markaziga hujum qilyotdi. Saqchilarni o'ltiryotdi. Oshkor jang bo'lgan bo'lsa, ularni yengalaydik, lekin Cho'lponning ko'zlari xushalliqdan parlab ketgan bo'lsa-mu, ustalik bilan yoshirib qoldi. Bavding tomoq vaqtidami, ichib o'ltirgandimi, bu g'amdan qutulolmadi. Xiyolga cho'kib o'ltiratdi. Kechqurun u ikkisining billa bog'chaga sayliga chiqib ketganligini uqdim. Ularning sirtda bo'lgan vaqti nihoyat uzun so'zildi. Tang kechida etilgan necha pay o'q ovozidan keyinla cho'lpon noli faryod ichida qaytib keldi. Hammaylan o'pir-to'pir bo'lib ketdi. Saroyning ichi Xitoy ofitserlar, Rus mutaxassislar, istixborot xalchilari bilan qaynab ketdi. Nima ish bo'lib ketdi? U kecha Bavdingga o'q tekkan bo'lib, saroyga ko'tirib elib kirishgan edi. Cho'lpon uning yanida chochlarini yulib, faryod ko'tarib o'tadi. Men qotilni ko'rdim. O'q chiqarib bo'libla etiga minib qochdi. Daryo tarafga qarab qochdi. 10 ming odamning ichida bo'lsa, uni toniyalayman. To'xtamay g'azi ichib yig'laydi. Xitoylar va ruslarning ko'zlaridan g'azab chaqnaydi. Ko'z yoshlariga bo'g'ilib yig'layotgan tul xonimdan har xil savollarni so'rayotdi. Bir tarafdan uni tinchlantirishga tirishadi. Cho'lpon ularni intiqom olishga kuch kiritayotdi. Erimning qotilini teppiringlar deb faryod uradi. Urumchidagi gumonliqlarning hammasini tutishga buyurdi. Istixborot boshlig'i Bu bugun yuz bergan 3-vaqa. Osmanning odamlari partizanlik harakatlarini kuchaytirdi. Qattiq qo'lliq, texmi bak qattiq qo'lliqdan boshqa unumli chora yo'q. Harakatlarda shubha ko'ringan hamma turkistonlikni o'ldiraylik desam o'nashmadi. Bundaq desang, turkistonlikning hammasi gumonliq, hammani o'ldiramdiq deb. Men xoinlarni farqlantirishni yaxshi bilaman. Bu vaqalarning intiqomini olmay qo'ymayman. Darhol Urumchida harbiy holat e'lon qilaylik, dedi. Cho'lpon motam ichida g'arg'in, parishon holda g'azib o'ltiradi. Qiziqarli yeri Bavdingning og'aynlari Cho'lponga tasalli berish uchun kelib ketib turadi-yu, ko'zlarida bir umid, bir shodlik parlab turadi. Ko'pinchisi Bavdingning qini tex qurmay turib, Cho'lponga tamada bo'lib o'tadi. U oxir bir haftagacha xonasidan chiqmay, hech kimni kirgizmay qaraliq tutishni qaror qildi. Urumchida so'z-so'zaklar ko'payishga boshladi. Hamma yoqni vahima qoplab ketdi. Chet ellik ofitserlar qo'rqishga boshladi. Shirdak, yo'lbosdak yo'rkirganlar amdi toshqandek tugilishga boshladi. Bu saroydan ketishga tayyor bo'lib turganda, bundoq ish chiqib safarim kechikib ketdi. Saqlashga majbur bo'ldim. Bir kuni kechda Cho'lpon kirib keldi. Uni ko'ribla chachrab turib ketdim. "Xonim," dedim kekeshlab. Qotilning kimligini bilamsan? Dedi ko'zlarimga tikilib turib. "Kim ekan?" Men. "Senmi?" Ha, dedi kulib ketib. nima ish qilishini bilgan bormi? G'azab bilan so'zlayotdi. Gaplarga hayronlik ichida quloq soldim. Bilib o'tmaslik uchun so'z qistirmay jim turib angladim. Mujohidlardan 10 kishini tuzoqqa tushirgan bir harakatga boshchilik qilibdi. Bir necha rus bilan birga. Buni o'zi e'tirof qildi. Buyruqqa qarshi chiqolmaydiganligini aytib, o'zini oqlayotdi. Uning oldida menga ta'minot yetkazish xizmatidan istifa berishga va'da bergan edi. U kecha ko'zimga uyqu kelmadi. Tex men bilan birga bo'lmoqchi bo'ldi. Hech qanday alayda hissiyot yo'q. Pushayman degan u asla hech ish qilmagandek kulib yurishlarchi tex. Ko'z oldimga keltirib baxtim. Mustafa, u 10 mujohidning ichida sen bo'lib qolgan bo'lsang, qanday bo'lib ketadi? Uningga, "Bavding, bu g'alabani toza bir ish tabriklaylik" dedim. Bek xushal bo'ldi. G'albalik tamomlagan harakatining jarayonini, qo'zg'olonchilarga qarshi qanday tayyorlik qilganligini og'iz tegmay so'zlaydi. Osman Batur ularga xeyli obdan vahima paydo qilgan edi. Ondan bog'chaga chiqdik. Sepilning ichida tomni bo'ylab mengib o'tdik. Uning tapanchasini oldim.
Keynidan atmadım. Yüzüge qarab turib tanıldım tapanchini. Hozir sana hukm e'lon qilaman Bog'dong. Sen bir xoin. Xiyonatning jazosi o'limdir. Qaqoqlab kulib ketdi. Meni chaqchaq qilyotidi deb o'ylab qoldi. Unga qattiq baqirdim. Qimirlama. Eng cho'ng gunohing yolg'on gap qilganliging. Musulmon bo'ldim deb yolg'on aytding. Bir rakat namoz o'qimading. Urushdan nafratlaman deb yolg'on aytding. Amaliyotda sen hayvondan battar nimasan? Meni xuddi ishlatib ko'nib qolib tashvidishga ko'zing qiymagan bir piyolaning o'rnida ko'rding. To'xta, qimirlama. Uning yuzlari tatirib ketdi. Tizilib o'ltirib qoldi. Ko'zlarida yoshlar lig'irlashqa boshladi. Tasavvur qilib baqa Bog'dongning yig'ilganini. Uning yig'isidan shunchalik huzurlandimki. Seni vatanimizga kelishga qiziqtirgan nima? Javob ber. Ko'zlarini yumib yalvarishqa boshladi. Ben seni yaxshi ko'raman Cho'lpon. Hech kimni seni so'ygandek so'yib boqmadim. Sharifim bilan qasam qilay. Endi hergiz bunday ishni qilmayman. Meni armiyadan qo'g'laymiz desam qilmayman. Sen mening borlig'im. Menmi seni yaxshi ko'raman. Seni o'ltirvasam nurg'un meynatchilik va gunohlardan xalos bo'lasan. Al. Al. 5 shahidimiz uchun 5 pay o'q. Cho'lponning ko'zlaridan yoshlar quyilishga boshladi. Bu ishlarni anglasa, qumulliqlar haqimda nima der? Sirtqa chiqib ketib, qo'lida qadah ko'tarib qaytib kirdi. Ayibga buyurma. U mal on meni ichishga o'gitib etibdi. Biz to'y qilaylik qadrlikim. Lekin bu to'yni qanday qilamiz? Qo'lidagi qadahni cho'rib o'tib, qaqahlab kulgunicha so'zini davomlashtirdi. Bog'dongning yaqin do'stlaridan biri menga to'y qilishni imo qilyotidi. Bu ofitserlarning yuraklari tashmikina. Qo'rqinchli kunlar yana boshlandi. Urumchidagi istixborot boshlig'i begunoh kishilarni tutishga boshladi. Kunda bir ikki kishi qotil degan gumon bilan darg'a esilatdi. Gohida Cho'lponning oldiga ba'zi qo'zg'olonchilarni yoki gumondorlarni eklishatdi. Lekin u ularning qotil ekanligini inkor qilatdi. Tutib qamashlar ko'paydi. Harbiy holat Urumchida emas, cho'ngroq shaharlarning hammasida yurgizildi. Qo'zg'olonchilarning faoliyatlari kuchayotdi. Bir oqshimi Cho'lponning qishig'i berib uningga qarliq tutish muddating to'shdi. Bir tanskichilik uyushtirib, cho'ng amaldorlarning hammin chaqirg'in. Shuning bilan o'tgan ishlarning pardasi yepilib, Bog'dong vaqasi oyoqlashgan bo'ladi. Seni almoqchi bo'lgan u Xitoy bilan choy ichkininglarni e'lon qilsangmikin deyman, dedim. Men seni deb o'ldirdim Bog'dongni. Dedi achchiqlanib. Meni chin qalbingda yaxshi ko'rsang, bu tanskichiligini o'rlashtirishing kerak. Nimishqa? Bilikidan tutib o'zimga qattiq tortdim. Uni bag'rimga bosib turib. Mujohidlar uchun intiqom olishimiz kerak qadrlikim. Qanday qilib? Menda xeli ko'p portlatqich bor. Qo'zg'olonchilar avatib berdi. Tanskichiligi tugar chog'da bu saroyning kulini ko'kka so'raymiz. Beshini langishdi. Biz-chu? Ularni g'arq masalatda naqsh aytib usul o'ynayotgan yerda tashlab chiqib ketamiz. Biz yiroqlashgandan keyin partaydi. Nega boramiz? Taqqa, Osmon Batur va boshqa azimatlar boyaga. Uning yuzi xushalliqdan nurlanib ketdi. Hayajonlanib, yuz ko'zimga suyishga boshladi. Qira oshpazni olisdan burun yiroq yerga yo'l o'tishimiz kerak, dedim men pichirlab. Mo'ng'ul arifkashga biror bahona tepishimiz lozim. Heliqi ikki kichik bola xizmatkarni bog'dagi sen Bog'dong bilan ish pesh tortishib yurgan xasujroq olib bersak bo'ladi. 4 ko'z bilan kutgan kecha keldi. Atrof qozonni dumko'mtirib qo'yganda qop-qorong'u edi. İkimiz bir arg'umoqqa minib, qattiq sovuq havoni yerib, shamoldek ilgirlab ketdik. Xeyli uzun mangandan keyin keynimizdan qilgan ovoz bilan tang uzoqdan saroyning o't dengiziga aylangan holatini ko'rdik. Taraf-tarafdan dod-faryod, chirqirashlar anglanatdi. Birer soat shundoq tez suratda mangandan keyin tog' etkiga kelib qolgan edik. Tog'lar har zamon hur insonlarning, azimatlarning makoni bo'lib keldi, dedim uni otdan tushirgach. Cho'lpon sovuqdan titrab ketgan bo'lsa-mu, mening qanchalik xushal bo'lganligimni bir bilsam, dedi. Sana qiliroq kiyim topmasak bo'lmadi, dedim kulib ketib. Cho'lpon tuyuqsiz. Bu jasur ishni nima deb dal mush vaqtda qilmoqchi bo'lding? deb so'rab qoldi. Men otni bexatarroq tarafga yetlagach javob berdim. Bu mening birinchi qatimliq ishim emas. Urumchida turish jarayonida buningga o'xshagan bir necha ishni qildim. Osmon Baturning buyrug'i bo'yicha harakat qilgan edim. Hayron qilib, ko'zlari chekchiyib ketdi.
O'ltirib aram elish uchun zo'ngzayg'ach, mundaq deb davom qildim. Agar bovding masalasini o'z qo'ling bilan hal qilmagan bo'lsang, bugungi hodisada oqibating ashu kuyib kuli ko'k so'rilganlar bilan o'xshash bo'ladi, Nima? Meni o'ltiramding? deb vaqirab ketdi. Chilli bilan Rizvangulning voqeasi esimga kelib, "Men uning dadasi", dedim. Cho'lpon nim demoqchi bo'lganimni uqolmadi. Ondan tog' qo'zg'olonchilarining qo'mondoni Osmon Boturni izlab chiqqan safarimizni davom qildik. Tağ yollarını aylanıp yürüp çarçagan əsəblərim xilil aram tepib qaldı. Tağ dalalarda kezib yürüp, asman gümbüzüge texim yaxın bolğan edim. Zihnim süzülüp, roşelleşken idi. Adamni sağıtadigan salqın tağ havasını sümürgence, sıkılgan yürküm azadlaşıp qalgandek bulup, özümni quştek yengil es qilishqa başladım. Çolpan bilan bir atni növbetleşip minip, taki men aldıda, o arqamda mingashgan holatda safarimiz davom qilyotdi. Kuchli quyosh nuri uning ap-aq yuzlarini ko'ydirgan bo'lib, bug'day o'nglashib ketgan edi. Mana endi bek qasrdagi asli holatiga qaytgan edi. Xushal, baxtli ko'rinatdi. Lekin boshdagi kunlarda bir oz qiynaldi. Chunki ko'nib qolgan issiq Osmonli hammami yo'q edi bu yerda. Ufangliklarning yo'qligidan ancha-muncha qaqshab qo'yatdi. Balki uni eng parishon qilgani yuqori tabiiy kishilarning oyoqi uzilmas iltifotlarining yo'qligi edi. Tağdaki insanlar tabiiy fitratlarda yaşaydı. Ayollarmı növbeti kelgende erler bilen tang hamma ishni qiladi. Uning atrofidagi muhit haqiqatan bakil o'zgargan. Yangicha bir dunyoga kelib qolgan edi. Yuqorida zikr qilingan shuncha qiyinchiliklarga qarshi u yangiliklarga o'zini ko'ndirishga tirishadi. Xushalliqni yoshirmaydi. Turib heliq hikoyasini, Bovdingni qandoq ujuqtirganligini, Bovdingning yalvurib yelinishlarini so'zlab bermaydi. İş qilgan ishidan faxrlanganligi aniq edi. Uzun so'zilgan mushaqqatli safardan keyin Oltay tog'iga yetib keldik. Bu yer Xitoylar va ruslarning beshini qaydirib o'tgan va ruslarni do'rab kommunistlashgan ba'zi xoinlar bilan tutishayotgan Osmon Boturning qarorgohi edi. Osmon Botur beqishlari keskin, shap burut, quyuq soqolliq, burni bir oz cho'ng, bastlik va ig'ir-besiq kishi bo'lib, ko'p o'ylanib az gap qiladi. U va atrofidagi qo'llag'uvchilar bilan tanishdim. Hammasila tog'ning so'ngakka o'tadigan sovuqidan qo'g'inish uchun qilin kiyimlarni kiyib edi. Bu erkaklar yillardan beri bo'ron chapqunlarga, dushmanning hiyli nayranglarga, hatto o'lim xavfiga mislsiz jasorat bilan ko'krak kergan botur azimatlar edi. Ularning Allohu akbar sadolari tog'larni larzaga soladi. Tağ qo'zg'olonchilarining bir necha markazi bor bo'lib, men bu markazlar orasida aylanib yurib, xalq orasida ko'rgan anglaganlarimni, dushmanning xalqimizni yo'qotishga qo'llanayotgan vahshiyliklarning tafsilotlarini qo'zg'olonchilarga yetkazdim. Ba'zida jiddiy harakatlarga qatnashatdim. Razvedka vazifalarini o'taydim. Oxirgi nishonim Osmon Boturga yaqin bo'lish edi. Chunki aslida men tava bo'lgan va birga jang qilgan sabdoshlarimmi shu yerda bo'lib, u yerda xizmatda bo'lsam, Mansur Durg'i bilanmi uchrasha oldim. Oxiri etimizmi o'lib qoldi. Tog'dagi kichik, aholisi shalong bir qishloqqa kelib tushgan qildik. Havomi xili yumshab, illib qolgan edi. Bu yizida bir necha kecha turib qoldik. Bu safar qachongacha? deb so'radi Cho'lpon. Doim safar ustida bo'lamiz. Oldimizmi, keynimizmi safar? Bek charchatdi meni. Urush degan shundoq, charchsang amal yo'q. Men uni demadim. Nimin deding amsa? Nikoyimizni qilishning payti tex kelmadimi? Sen doim fursatlarni chang tutmaysan. Bek qasrdagi oxirgi ko'rishishimiz esondidu. Shu chog'da unugan bo'lsan kashki. Uning qo'llarini siyliqqina tutdim. Olqinimni yuziga yoqib turdi. Musholatda xili uzoq turdik. Lig'irlab turgan ko'zlarini menga tikib, Qachongacha yurimiz? dedi yumshoqqina. Musulmon barya bo'lgandan keyin mollam bordi aqchan, dedim. Men chiqib surishtirib boqay. To'xta Cho'lpon, menga qo'y o ishni. O'zimni cheksiz baxt ichida his qilyapman.
biz bek tavakkul qilyapmiz. Nimishqundoq deysan, Mustafa? O'zimizning bolalik bo'lib, ularni cho'ng qilib, baxtli qilgudek uzun yashay olishimizga ko'zing yetadi. U tarafini Allohga qo'y. To'yimiz nihoyat oddiy sodda bo'ldi. Qishloq ahli qatnashdi. Kichik qizlari usul o'ynab, qo'yishlar o'lang aytib, dumbur chiritib degandek qizitib berdi. Yedik, ichdik. 10 kungacha vaqtni unutgan holda hayotning feyzini surdik. Ondan Cho'lpon yenida qolgan butun zib-zinatlarini sotdi. Uning puliga 2 ot elib yo'limizga davom qildik. Jinim, uyimizni ash yerga azmatlarning yeniga borgan tutamiz. Ular balları, ayollari va erlari bor bir butun jamiyat. Ularning butun mashg'uliyati jihad. Jihad hurlik demakdir, erkinlik demakdir. Bu jang Alloh rizosi uchun farz. O'z vatanimizning xo'jasiga aylangan chog'imizda texmi go'zal va ko'rkam hayotga o'lishimiz. Cho'lpon bulutlar bilan qoplangan ufqqa qarab kulimsirab turib, Seningcha hozirgi minutlarimizda go'zal hayot bormi? dedi. Bor jinim bor. Tinchlik yetib kelgan, islom diyori musulmonlarning qo'liga qaytgan, dushman oldiga qaramay qochganda. Ana shu chog'da biz hayotning feyzini suralaymiz. Haqiqiy baxtning ta'mini tetiy olaymiz. Biz yuksak qoyalar uchun yashashimiz lozim. İkkimizning orasidagi muhabbatdanmi ulug'vor va yuksak bo'lgan ma'nolar uchun. Shu chog'da butun Turkistonda abadiy sevgining kuylari yangraydi. Sen, men va sabdoshlarimiz shu muqaddas kuyning go'zalligining va abadiyligining siri bo'lib qolamiz. Mana shu chog'da yer yuzida turib jannatda yashagandek bo'lamiz. Bu esnada 2. Dünya urushi shiddat bilan davom qilyotdi. Bir tarafda Nazi Germanlar, yana bir tarafda Sovetlar, Amerika va Angliya ittifoqlash armiyasi. Hitlerning German armiyasiga qo'mondonlik qilib, har tarafda g'alaba qilishi butun dunyoni sarosimaga solgan. Dunyo nizomi ostin ustun bo'layotgan bir payt edi. Biz tog'da Germanlarning Rossiyaning g'arbiy zminlarini ishg'ol qilib qistab kelganligi, Ruslarning tez suratda chekinayotganligi haqidagi xabarlarni anglab turdik. Bir qatimliq cho'ng yig'ilishda Osmon Batur mundaq so'zladi. Bu kunlar biz uchun nihoyat halqiliq, hayotnomidlik muhim kunlar. Vatanimizning kelajagi bir necha avloddan keyin qanday qoldi bo'lishi bizning bugun nimalarni qilishimizga bog'liq. Bizlarning bu tuproqlardagi kurashlarimizning tarixi uzun. Ahli salib xristianlarining kuch ko'rsatishishi bilan Char Rossiyaning zamonimizga ko'z tikishi, Xitoylarning ulug' vatanimizga, bu qahramonlar diyori islom tuprog'i bo'lib kelgan aziz diyorimizga ishtay saqlab timsiqlashlari boshlangan yillardimi. Shundaqla shuhratparast hokimlarning g'ofil va ittifoqsizligidan foydalanib, go'zal yurtimizga dushmanlar maynat oyoqlarini besib, parcha-parcha bo'lib talab ishg'ol qilishgan necha 10 yilning yaqimi bizning kurashlarimiz to'xtovsiz davom qilyapti. Qarindoshlarim, tog'larchilar, mening o'tmishdan chiqib gap ochqim yo'q. Men faqat shuni ta'kidlamoqchi. Vatan tuproqlarining erkini hech kim bizga elib bermaydi. Mustaqillik qo'rg'ini faqat va faqat bizning yolg'iz o'zimizning mo'yillarimiz ustida yuksaladi. Ruslar bizga yordam qilamiz deb yolg'on aytdi. Xitoylarmi avtonomiya, erkinlik shiorlari bilan xalqimizni g'aflatga qoldirib oldi. Stalin va o'tmishdagi charlarning bari yolg'onchi. Mana ko'ryapsizlar. Xalqimizni qilich va miltiqlar bilan bosh egdiryapti. 10 ming, 100 minglab dar maydoniga, turmalarga so'rab ilib ketyapti. Butun Turkiston oilalari qamg'oqdek to'zib ketdi. Bizning erkinlik jangchilari bo'lmish qo'mondonlarimiz ularning qo'liga tushib qolganda urush asirlariga qilinish kerak bo'lgan aqlli muomalani ko'rmadi. Ularni vahshiylarcha o'ldirganni oz deb xalqning nazaridagi shon sharafini, nom obro'yini yer bilan yakson qildi. Halbuki ular aziz vatanimizning faxrli o'g'lonlari edi. Ular endi shahar yezdilardagi yangi naslni bulg'ab, ozg'in bir avlod yetishtirishga tirishayotdi. Bu qilmishlarini oqartish, taraqqiyot degandek shiorlar bilan pardozlamoqda. Ruslarning butun dunyodagi izini xalqlarning erkinligi uchun Hitler Germaniyasi qarshi urush qilishi nima degan kulkilik-a? Halbuki xalqlarning erkinligini yulib ilayotgani dal o'zi tursa, Xitoylarmi Yaponiyaga qarshi dal shunday shior ostida urushmoqda.
Bir-birleri bilan üstüşken buqidek telkishiyotidu. Eng ichinishliq bo'lgani Kavkaz va boshqa G'arbiy Turkiston jumhuriyatlaridan kelgan musulmonlar chavandozlardan tashkillangan bir cho'ng qo'shin ruslarning germanlarga qarshi urushiga yordamda bo'lyotidi. Qahramon qarindoshlarim, biz vatanimizning mustaqilligi uchun urush qilyapmiz. Dushmanga qarshi g'azab nafratimiz aniq. Mayli u dushman qanday suratda oldimiz chiqsin, muqaddas dinimiz islomni, parlaq madaniyat miroslarimizni qo'g'dash bizning burchimiz. Hozir Ruslarning obro'yi bir tiyim bo'lyotidi. Sharq tarafdagi frontda mag'lubiyatga uchrag'achqa germanlar Moskvaga kiray deb qoldi. Xitoylarning Yaponiyaga qarshi holati undan battar. Biz hozir menayotgan bu yo'l Alloh rizosi uchun jihad qilish yo'lidir. Biz butun kuchimiz bilan dushmanni terpirak qilish uchun otlanishimiz lozim. Hurriyatimiz o'z qo'limizga o'tganda ondan hammaydan do'stona muomalada bo'lsakmi kechikmaymiz. Vatan tuproqlariga yotlarning oyog'ini bosqizmaymiz. Bizning boshqalarning yer zaminida ko'zimiz yo'q. Mol boyliqlar ko'milib yotgan bu munbat zaminimiz o'zimizdan bo'lishi kerak. Alloh bizni o'z erkimiz bilan yaratdi-ku. Mustaqil vatani bo'lish bizga yarashmasmi acaba? Ruslar bizning partizanlarcha zarbalarimizdan g'alsirgan edi. Shunga g'aljallashib begunoh xalqdan texmo qattiq intiqom olyapti. Shunlashqa hozir bizning oldimizda umumiyuzlik cho'ng jangga atlanmoqdan boshqa tanlash yo'q. Jangchilarning takbir sadolaridan tog'lar larzik keldi. Bir necha kundan keyin top bo'lib yo'lga chiqdik. Ruslar vahimaga tushib chekinishga boshladi. Bizning Urumchiga yetib kelishimizga bir qancha kilometrlik qolgan edi. Bu chaqda Sovetlar asosiy kuchini Stalingraddagi German qo'shiniga qarshi turish uchun yo'tkab ketgan bo'lib, xalqimiz Sharqiy Turkistondagi qoldiq rus kuchlariga qaqshatqich zarbalar yog'dirish natijasida ularmo G'arbiy Turkistonga qadar chekinishga majbur bo'ldi. Ruslarning chekinishi nurg'un sirlarni yo'riqlikqa chiqardi. Ruslar tashlab ketgan arxivlardan ma'lum bo'lishicha, yiltizidan qurib yo'qolgan oilalarning addi-hisobi yo'q bo'lib, Rus o'lim lagerlariga qamalganlarning soni 300 mingdan ortiq edi. Ruslar tarmar bo'lgandan keyin u o'lim lagerlaridan qochib qutulganlar o'zlari uchirgan vahshiy qiyin-qistoqlarni so'zlab berdi. Ular suratlab bergan manzarni tasavvur qilishmi odamning tinini shirkindirib o'tdi. Şehit bo'lganlarning oilalari ularning meyitlariga erisholmabdi. Chunki ruslar odamning aqli yetmaydigan usullar bilan bu jasadlarni yo'q qilishar ekan. Zaharlik gazga to'lib ketgan bir azgalda tasodiban ikki jasad uchrab qoldi. Keyin bu jasadlarning Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining raisi Xo'janiyoz Hoji va qo'mondonlardan Qozoq general Sharifxon To'rining ekanligini bildik. Ruslarning odam qiynash markazi bo'lgan istixborot idorasi, ya'ni JX organining binosi bir qatimliq qattiq yomg'irda o'rilib tushgan bo'lib, binoning xarobasi ostidan 3000 kishining jasad iskeletlari topildi. Asli bu binoning osti vatan yigitlarini qamaydigan turm ekan. Bu pek maxfiy turm bo'lg'achqa, bino o'rilib tushganda ularni qutqizgan odam bo'lmaganlikdan shu yerda qapsilib qilib o'lib ketishgan ekan. Turkiston xalqi har tarafdan kelib bu mislsiz dahshatga shohid bo'ldi. Cho'lponning ko'zlaridan yoshlar to'xtamaydi. Ular qandoq ichinishsiz qolib o'lib ketgan-a? Mustafa, men o'ylashdan qo'rqyapman. Bu bek ichinishli oqibat emasmi? Qop-qorong'u zindan, hech kimdan javob kelmagan yolg'irishlar, ochliq, suvsizlik, bedellarni tilib turgan qamchilar, ularning orasidan xotin bolalarni xiyol qilayotganlar, suygan qizni asrayotganlar bor bo'lg'iydi. Dunyoda mushundaq eg'ir zulm bo'lamdi. O ruslarga Allohning la'nati bo'lsin. Ular bizni nima qilsin deydi? Agar Stalin ularning e'tiqod qilganidek haqiqiy jannatdan xush xabar berguchi bo'lsa, mushundaq vahshiyliklarni qilarmidi? Bundaq inson qalbidan chiqqan kishilardan qandoqmi yaxshilik kutkil bo'ladi? Qara, quchoqlashib qaytib qolgan jasadlarga bir-birini ching quchoqlagan holda jon uzibdi. Tugilib o'ltirib qolganlarga qara. Qattiq to'lib ketgan bo'lsa kerak. Ularning mushundaq qiyin ahvollarda Allohga yelinib madad tilaganligi ishonman. Bular vatanimizning tog' daryolarida erkin qiyg'itib yurgan vatan avlodlar emasmidi? Mushundaq ichinishsiz qolib o'lib ketsa qandoq bo'ladi? Peskashlarga Allohning la'nati bo'lsin. Men uning qo'lini tutib turib, inson o'lib ketgandan keyin hech narsani tuymaydi. O'zingni bundoq azoblama, dedim uni tinchlantirish uchun. Biz azoblanmay kim azoblansin?
azoblanishimiz lozim. Shundoq bo'lganda qalbimizda butun zolimlarga qarshi o'chmas nafrat shakllanadi. Qadrlikim, biz hamma yerda qo'llab yo'qotyapmiz o ablahlarni. Cho'lpon yeshini surtib o'tib Mustafa, men sizlar bilan safarni davom qila olmaydigan bo'ldim. dedi. Nimishqa? Bo'yimda qolgandek qiladi. Yağmur va oftobning dastidan pari-pari bo'lib ketgan iskeletlardan burilib, cho'lponning tatirib ketgan chiroyiga qaradim-da, uning qulqiga pichillab. Emisa, agar Alloh bizga bir o'g'il ato qilib qolsa, ismini Xo'janiyaz qo'yayli, dedim. Cho'lpon mayuskin kulimsirab qo'ydi. Uni biz turayotgan uyga olib qo'ydim. Men kelaryapti yo'lga chiqaman. Safarimiz Eli va Oltay tarafga. Vatanimizning tabiiy boyliqlari mo'l bo'lgan bu ikki yurtni ruslarning qo'lidan qaytarib olishimiz lozim. Qonliq jang davom qilyotdi. Ruslar har tarafga pitirashga boshladi. Bir qatim xili ko'p komandirlar yig'ilgan bir uchrashishda Osmon Botur bizdan Shinsayning nima ishlarni qilayotganidan xabaringiz bormi? deb so'radi. Hammaylar uning og'ziga qarab, nima deydi ekan deb kutib turishdik. Osmon Botur tamkinlik bilan Uruslarni tutqun turibdi. dedi. Qandoqsiga? Hammamizning ayronliqdan og'zimiz ichilib qoldi. Siyosiy manfaat o'yini. Lekin ular do'st edi-ku. Shinsayni o'z vaqtida uruslar yo'lab turg'izgan emasmidi? Shundoq uruslar uningdan foydalanish, uning qo'li bilan vatanimizni olqonlarga kirgizilish uchun uni yo'lab qo'rchoq rais qilib tiklagan edi. Shinsay endi Gomindaning kattivishi, Jangjishi bilan aloqa o'rnatib, uning quchqiga o'zini yetibdi. Shinsayning ruslardan bejdar bo'lgani sir bo'lmasa-mu, ko'pincha rus mutaxassis va maslahatchilar germanlar bilan bo'lgan jang sababli Turkistondan ketgandan keyinla ularning bo'yin turqidan to'liq qutulgan edi. Qolib qolganlarimi Osmon Boturning azmatlari boshlagan partizanlarcha jangdan qochib qo'ya qolgandan keyin Shinsay fursatni g'animat bilib, bu yerda yashayotgan rus millatidan bo'lgan har kimni tutishga boshlab, Jiang Jiexidan bizga qarshi yordam talab qilib elchivatgan edi. Shinsay maydoni yo'q bir edi. Kimda foyda bo'lsa, shuning taqsisini ko'taradi. Ruslarni mag'lub qildik deb tursak, endi Xitoydan keladigan tajovuzchi qo'shinga qarshi jangga tayyorlik qilishimiz lozim bo'lib o'tadi. Qo'mondonlarimiz ammo uqtirish chiqarib, qurol tutolig'idek hamma kishining Xitoy o'g'ri chashqonlarini vatanimizning qo'g'lash jangiga qatnashishga safarbar qildi. Ondan Osmon Botur Shinsayga ultimatum avatib, uningga vatanimizdan chiqib ketishga muhlat belgilab berdi va bu muddat ichida chiqib ketmasa, oqibatining halokat bo'lganligini uqtirdi. Shinsay puti ko'ygan tug'idek bir joyda tura olmayli qolgan edi. Qo'shinimiz uni muhosiraga elib olgan bo'lib, o'z qarindishi Shing Shichini bosh qilib Jiang Jiexiga avatgan o'makdan texicha xabar kelmagan edi. Turkiston xalqi o'z shon sharafini asliga keltirib, ar nomusini qo'g'laydigan bu jangga jinini tikib atlangan bo'lib, Allohu akbar sadolari ufuqlarni larzaga solatdi. Mana 3-chi qatim uchrashib qoldik, Mustafa Hazrat. Burilib qaradim. Oldimda oxiratlik do'stim Mansur Durg'u turibdi. Ah, qadrlik do'stim Mansur, ajab o'zgarib ketibsan. Sochlaring qirov tushibdi, yuzlaringga qo'riqlar iz tashlabdi. Uning sol bilkining midirlamaganligini, miltiqini o'ng qo'li bilan ko'tarib olganligini ko'rdim. Seg'inish bilan chin quchoqladim. Ondan azroq dojib, uningga qaytadan sepsilishga boshladim. Ikki mangzi xilil yadagan, sochlari tushib, shalanglashib ketgan bo'lsa-mu, oq aralashgan soqollari kajlarcha o'sib turgan edi. Ko'zlarida liqqa demayslik. Qandaroq turding, Mansur? Uruslarni yangdik. Kulib ketdim. Bu hammamizga ayon bir haqiqat edi. Demak, ochiq gap qilmayotdi. Tağlık ayolim shahid ketdi. Uruslar bir ziyofatda uni xuddi bir qo'yni bo'g'izgandek bo'g'izib o'tdi. Xuddi go'shxo'r hayvonlardek oralarida bo'lishilishdi uni. Ayolim ichinish nolib faryod qilib, ularning qo'llaridan qutulish uchun yulqinatdi. Yiritqich hayvonlar jinida biladi marhamat qilishni. Lekin boshqa qochmagan bo'lsam, istixborot binosi ostidan chiqqan o'sha shahidlardan biri bo'lib qolgan bo'lsam, esit, nemish qadamsan, meni tutish buyrug'i chiqarib tutolmagandan keyin ayol qariyash demay butun oilamni qo'lga oldi. Hozir nima demsan? Men afsuski ular ketib qoldi. Ko'zlarida yosh lig'irlab davom qildi. Hech kimga zulm qilmaydigan zotning yoniga ketdi. Yeshini surtib turib yana.
Meni hozir o'y ketib qolganlardan baxtli deb o'ylamsan? dedi. Uning qo'lini tutdim va "Mayli do'stim, cho'lpon seni saqlayotgan" dedim. Unutib qilishga boshlagan ko'ngli hikoyani eslagandek bo'lib, men qarab turib qoldi. Cho'lpon dedingmi? Ha, ayolim. Ayolim, mumkin emas. Sen biletding-ku. Kulib ketdim va men bilan birga bir necha favqulodda harakatlarga qatnashdi, dedim. Yenimizda yardar bir muxbir o'tirgan ekan. Men burilib qarab, Siz Mustafa Murat Hazret bo'lamsiz? deb so'radi. Ha. Muxbir xushal kulib ketib, Sizlar ikkinglar haqida Urumchi, Altay, Kashgar, Qumul hamma yerda varoqchilar tarqalib yuradi. "Nima mazmunda?" Siz va Cho'lpanni tirik yoki o'lik tutganlarga ko'p miqdorda oltin beramiz degan uqtirishlarchi. Demak, Mustafa Hazrat sizgansizda. Sizning hikoyangiz jazman bak yaxshi gazet xabari bo'ladi. Qaqahlab kulib ketib, muxbirga mo'rani ishorat qildim. Birinchi darajalik sharaf ordeni. Shundoq birodar, Osmon Baturdan. U oltinlar Shingshisaydin. Ajoyib jahanda bu. To'lin oy sutdek nurini atrofga sahiylar chizib turgan oydin kecha. Mansur Durg'u bilan o'ltiratdik. U past ovozda so'zlashga boshladi. Beg o'lib ketdi, o'ltirildi deb o'ylayman. To'rlar, baglar hammasi yo'q qilindi. Yoki eng past holga tushirib qo'yildi. Oilasi, xotin bolalari taraf-tarafga chechilib ketdi. Dunyo oyig'i uzilmas voqealar bilan davolg'ib turadi ekan. Bizning peshonimizga umr bo'yi jangchi bo'lish bitilgan o'xshaydi. Mansur, Alloh yo'lida jang qilishdimi sharafli ish bormi deysa adash? Bilaman, lekin ba'zida nafsim g'olib kelib qoladi. Go'zal kunlarni, g'uborsiz bolaliqimni, oilamni, yap-yeshil yayloqlarni, quyosh parlab chiqqan saharlarni, baxtga to'lgan dunyoni eslab qolaman. Nemishqa bularning hammasi yo'q bo'ldi? Saodat daryosiga cho'milish uchun cho'qim mushaqqat cho'lini kesib o'tish kerakmi? Mana bizmi zafar qozonyapmiz. Lekin baxt saodat nerda? Ba'zida qalbimni mushundoq o'ylar qapib oladi. Ma'zur ko'rgin. Lekin odam bolasi bo'lgandan keyin mushundoq his qilib qolgan chog'larimi bo'ladi ekan. Ayolim nemishqa o'ldi? Yashangan dadamning gunohi nima edi? Onamning, singlimning, urug' tuqqanlarimning ko'zlaridan yoshlar qurib ketdi-ku. Ko'rganlarning menga so'zlab berishlaricha, oilamdagilar bir necha oyatni pichirlab degudak o'qiy olibdi. Dadam bo'lsa jaronglik qilib oyatul kursini o'qigan ekan, u jallodlar kulib ketishibdi. Nimaga kulishidi ular Mustafa? Cho'lpon bilan ko'rishkim kelyotdi. Uningdan bir so'rab boqay. Bu vahshiy hayvonlar bilan qanday yashapti? Qanday birga o'ltirib qopib, yeb ichib yuribdi? Ular insonmikan? Mansur Durg'uning o'zining va oilasining boshiga kelgan musibatlar yuzasidan bakli tugishib ketganligini his qildim. Pat-pat esik kelib qolgan qayg'uliq damlari uni motamdor holatiga qaytarib qo'yatdi-da, aqlidan adashgandek bo'lib qoladi. Mo'risini do'stlarish tutib turib, "Allohga ishonamsan?" dedim. Albatta, dedi va ko'zlaridan yoshlar taramlab qo'yilishga boshladi. ularga biror musibat kelgan chog'da ular biz albatta Allohning ig'dorchiligidamiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. Tugashtiradigan bo'ldi meni bu umidsizlik. Mushtini tugib, tishlarini g'uchiriltib so'zlayotgan Shingshisay g'azab bilan so'zini davomlashtirdi. Turkistonning hokimiyatini tutib turish uchun yo ruslarga, yo Mingoga tayanishga majbur qoldim. O'zim yolg'iz g'alaba qozonolmadim. Bu nimani ko'rsatdi? Ömür bo'yi Sovetga yoki Mingoga biqinib o'taman degan gap. Shunga ko'nglim zodi xotirjam emas. Xushal bo'lishim texmo mumkin emas. Qo'mondonlardan biri: Nemishqa Turkiston xalqiga do'stlarcha muomala qilishni o'ylashib ko'rmaymiz. Bu mumkin emas. dedi zardi bilan. G'oliblar bilan mag'lublar do'st bo'la olmaydi. Har qitim qo'zg'olon bo'lganda qonliq bostirdim. Boshqa yo'l yo'q edi. Ish o'qimasligimdan emas, men buningdan boshqa unumli usul kor qilmaydiganligini bilgach shunday qildim. Qarag'ina,
Oruslarning yordami üzülüpla etrafımızdaki tağlardan üstümüzge oklar yığıvatıdı. Eğer Cangjeşi vədi qılğan yardımını evetmese, Ürümçi qoldun ketidu. Biz hemmimiz muşu yerde. Özümüz kurup çıkan Türkistan'daki en çoğun adam kuşkanısıda boğuzlanımız. Şiңişsey ucursuq arameliş için kirip ketdi. Açıqı texi besiqmağan edi. Özü yalqız olturup xiyalıq petip ketdi. Qançılık olturğununu mu bilmedi. Beşini götürgen çağda aldıda bir şişi bilen iki qadahni tutup öğür durğan kızını görüp çöçüp ketdi. Sen kaçandan beri turvatsan bu yerde? Yarım saatçe buldu. Dedi. Vay tuğu. Nemiş deviş çıkamadın? Bütte karap duruşumdan bizar boldum. Bu kız şiң bilen billa yaşaşqa mecbur bolup qılğanlarning biri edi. Şundaq qılğandala özü ve ailesini ölümden qutqızalaytdı. Bu yerik kelgen tunç kız emas. Lekin bu qızning bu yerde turvatqiniga bir necha ay bo'lgan bolsa-mu, şiң texi onundan zerikip qolgan edi. Qiz bek kam söz bulup, so'ralgan savolga javob bergandan boshqa hech qanday gap qilmaydi. Ayol kishilar ko'pincha kot-kot keladi. Lekin bu qiz savollarga eng az kelimalar bilan javob bergandan boshqa vaqtda og'zini pichoq ochmaydi. Bu yerden ketadigan bolup kalsak, men bilen ketemsen yoki qilib qolamsan? deb so'radi Şiң. Men siz nima desangiz shuni qilaman xo'jam. Bechora qiz Şiңning nima demoqchi bo'lganini tushunmagandek qiladi. Yani eğer Türkistanlılar bizni mağlup kılıp kalsa, Gepi tugmay turibla saddalarcha javob berdi. U chog'da siz o'zingizni qutqizsiz xo'jam. Mendek bir ayol bilan nima koringiz? nemişka? Yo'lingizda texi nurg'un ayollar uchraydi-ku sizga. Men kim edim? Muş yerde kalı dikensen de. Dedi beshin chayqab qo'yib. Shundoq. Dedi qiz tamkinlik bilan. Oilam kelib meni ilib ketguncha mush yerda qolaman. Şiң qizning qo'lidagi shisha bilan qadahni bir uribli pari-pari qilib o'tdi. Hemming mening yerimde kalitsiz yaşasan. deb vaqirib ketdi. Gapingizni tushunolmadim xo'jam. Mening vazifamda biror qusur bo'ldimi? Vazifangning gipini qimidim ahmak. Nimaning gapini qildingiz hamsa? Söygünün, muhabbetinin. Qiz inkassiz qarab turdi. Bir og'izmi gap qilmadi. Şiң yana xiyolga cho'kishga boshladi. Bu hayatning hamma tarafi qo'rqinch bilan qo'shilgandek. Kishilarning har bir harakati qo'rqinidan yoki biror manfaat uchun bo'layotgandek. Jang maydonidagi Xitoy askarlari hayot xatar ostida qolganda darhol tez cho'kib yig'lab yolvorishib, Turkistonliklardan shafqat tilashidi. Hatto ba'zilar jinini saqlab qolish uchun düşman Türkistanlıklarının dini bo'lgan islomga kirishga rozi bo'lishadi. Ruslarni yordamchi qo'shinni payda manfaatni shart qilib avatadi. Ya hokimiyatga qo'l tiqadi, ya bo'lmasa xom ashyoga erishmoqchi bo'ladi. Va ya bo'lmasa kommunist yo'ldoshlarini yetishtirmoqchi bo'ladi. Stalin bilan ko'rishgan chog'da o'zimni sodiq kommunist qilib ko'rsatmagan bo'lsam, menga hargizmi yordam qilmaydi. U qizga yana qaradi va Yo'qol, jahannamga bor deb vaqirdi. Qasrdan chiqib ketamdim? Jahannamni bilmamsa? Jahannam. Jahannam inoq o'rnini bilmayman, lekin so'rab topsam bo'ladi. Mazaq qilib qaqahlab kuldi va Chiqqahu ahmaq deb vaqirdi. Qiz chiqib ketish uchun o'rnidan qo'zg'alib bo'lib, yana Şiңning yoniga qaytib kelib, Esimga keldi xo'jam. Jahannam bu yerda emas, oxiratda eski kishilar, kofirlar va Allohning dushmanlarining biror joyi. Şiڭ o'rindiqqa o'zini tashlab o'ltirgach, qizga eransizlik bilan qarab qo'yib, shu yerga bor dedi. Lekin men daha o'lmagan tursam. Şiڭ sey jimib ketdi. Ko'zi uyqu ilinib qolgan edi. Pushuldaşlardan uning ikki kech uxlamaganligi chiqib turadi. Qiz midirlamay o'yri turdi. Bir azodin keyin Şiڭ cho'chib uyg'onib, yenida tikilib turgan qizga qarab, sen nalik eding? deb so'radi. Eng şimal tarafdan keldim. Sibiriyaga yaqin yerdim. Esingizda yo'qmi janoblari? Bir qatam ziyoratga borgan vaqtingizda sizga qadah va meva sungan edim. Meni yoqtirib qoldingiz. Hikoyani davomini bilasiz.
yerden ketip kalsanız, men aşu yurtumga qaytip ata-anamni izleymin. Qiz jilvigar, sadda bir qiz edi. Shing uni tortib quchqida o'ltirg'izdi. Uning sekilik sochlarini tuzashtirib, inchiki burnini, to'lg'an lavlarini, cho'ng-cho'ng ko'z chanoqlarini siylab qo'ydi. Ondan shirin tushdaq qizni suyishga boshladi. Birdamdan keyin Do'ban hozir ichishga yaramas bo'ldi. Huquqim va nopozim qo'ldan ketgandan keyin yoshlik va havoyi havisimmi ketdi. Ismini unutib ketibdiman. Faqat yangi kelgan chog'dagi yosh aralash kulimsirishim xira-shira yodimda. Urush, oyga chiqmagan urush, dedi. Eshik chekildi. Qiz o'rnidan turib, o'zini tuzashtirib chiqib ketdi. Qo'mondalardan biri kirib keldi. Do'ban janoblari, yordam kelmadi. Turkistonlik musulmonlar Urumchini qo'rshovga oldi. Shahar sirtida qonliq jang davom qilyotidi. Ozroqmi ilgillash yo'q. texmi ko'p odam evatinglar. Chekinishni o'ylamadingizmi? Chekinish demsan? Nonqape. Chekinsang nima ish bo'ladiganligini bilamsan yo'q. Nima ishlar bo'lar? Musulmonlar bizni har tarafdan qo'g'lab tutadi. Üstümizga har tarafdan yupurilib kelishidi. Urushda tamamen mag'lub bo'lamiz. Hammamiz o'lamiz. Urumchi bizning oxirgi qo'rg'inimiz. Muhasiriga xeyli uzungacha bardoshlik bera olamiz. O'lgucha yoki yordam kelgucha bardoshlik bermakdan boshqa yo'limiz yo'q. Chiq, bu gaplarni qo'mondonlarga aytg'iz. Qo'mondan o'z-o'ziga so'zlagandek qo'lini ochdi. Osmon Botir avatgan ultimatumda ketishni xohlasak, jinimizni omon qilganligini deb ekan-ku. Men jangchining va'dasiga ishonmayman, dedi Shingsay kulib ketib. Ular yolg'on so'zlamaydi-ku. Shing qaqahlab kulib ketdi. Biz ularni ming qatim ahmoq qildik. Lekin ular Shing gapini bo'libla. Yo'qan, oxirgi chidanglar. Chekinishkimi, teslim bo'lishkim bo'lmaydi, dedi. Qo'mondan chiqib ketib, Shingsay yana ichsi qilgan vasvasi qaplagan holda yolg'iz qoldi. Bir qo'mondonning mag'lubiyatiga yaqinlashgan bo'lsa, taslim bo'lmasdan o'zini o'ldirilishi kerak. Buning eng to'g'ri usuli o'zini jangga o'tirishga etishdir. Men shuni o'ylayapman. Inimni poytaxt Chongqingga alatdim. Quruq qo'l kelmas aram. Xitoy bilan Yapon o'rtasida shiddatli jang bo'layotgani, Yaponlarning Xitoylarni toza targ'ib qilayotgani rost. Lekin jang Sharqiy Turkistonning qo'limizdan chiqib ketishiga qarab turmaydi. Chunki bu deganlik bu yerlarga o'rislar ega bo'lib oladi degan gap. Yordam cho'qim keladi. Shing xayollarga petib o'tirganida kamso'z qiz yana kirib keldi. Uningga tamoq va bir shish aroq ko'tarib kelgan edi. Tamoqni Shingning oldiga qo'ygandan keyin, Efendim, men ketaymikin deymin. Nimishqa? dedi Shing qizga qahri bilan qarab. Bu yerda bek qo'rqib ketib borman. Urush yaqinlab qoldi. O'limdan qo'rqansa? dedi qaqahlab kulib ketib. Ölüşün yoki hayat qilishingning nima qimmati bor sening? O'lgim yo'q. Mening yenimda bo'lishing yetarli emasmi sana? Janoblari degan do'ban. Men bo'lsam odatdagi bir xizmatkor xolos. Shing qizga g'azab bilan qaradi. Uni yoqtirib qolgan edi. Uning kamso'zligi, sadda va ma'sum chiroyi uning huzur berdi. Nurg'un ayollar bilan birga bo'lib boqdi. Hammasidan zerikkan edi. O'qigan bilimlik ayollarni, artistlarni sinab boqdi. Kommunist yo'ldoshlardan sinab boqdi. Lekin ko'pinchisi Stalinning jasusi chiqdi. Xitoydan eqib kelib, bu yangi zamonga yerlashgan Xitoy qizlarini sinab boqdi. Ulardanmi qattiq zerikdi. Bu kalva qizni nimishqa buncha yoqtirib qolganini o'zimi bilmaydi. Yurak deganning u bilmaydigan biror qonuni bo'lsa kerak. Hayotda nima tergin bor? Yayloqdagi oilamning yana qo'ysam ondan. Men bilan qilishni xohlamamsan? dedi gapini bo'libla. Seni oltin kumush, nozu ne'matga ko'mib o'taman. Seni himoya qila olmayman. Qiz öksüp yig'lashga boshladi. Shing uningga qarab g'azab bilan vaqirdi. Qamchi bilan badaningni tutma qilib o'taman. Bu yerga kelgandila biletdim uni. dedi ko'z yoshlarini surtgach. Bütün ailangni turmaga tashlayman. Shu yerda chirib o'ladi. Qiz tizilib bukilib qoldi. Ko'z yoshlari saldak eqishga boshladi.
Rahim qıling, Doban janoblari, rahim qıling. Men tov qildim, oilamga rahim qıling. deb yalvarishga boshladi. Yo'qol! Bechora qiz shivirg'anda ushik tekkan kichikkina quchqoch kabi dir-dir titrangunicha chiqib ketdi. Jiang Jieshi oxiri yordam evetdi. Eng yangi qurollar bilan jabdungan 6 diviziya askar kelyotdi. Bularni yaponlar bilan bo'layotgan qonliq urushning ichidan ajirtib atayin evetgan edi. Bu vaqtda Jiang Jieshi inglizlarning ishtinining puchqiga chaplashib, ulardan Yaponiyaga qarshi Birmada urush maydoni hozirlanishini tilab yalvarotdi. Shundoq qilganda uzluksiz g'alaba qilib, tez surat ilgirlayotgan yapon askarlarining chami ostida mijilib ketib borgan yuzini qutqizib olaydi. Bu 6 diviziya askar Turkistonning chegaralariga yaqin kelganda Turkistonlik chegara qo'g'ilg'ich qismlar tarafidan to'sib qilindi. Ular o'zlaricha Turkistonlik chegara qo'mondonini ko'ldirlatmoqchi bo'lishdi. Aralardan bir qo'mondon chiqib Turkistonlik qo'mondonga: Biz faqatla u ruslarning yalaqini yalab kommunistlashib ketgan Shinshiseyning adibini berib qo'yish uchun keldik. Vataninglarni kommunistlardan yirg'lab berishdan boshqa g'arizimiz yo'q, dedi. Avval o'zinglarning vatanini qutqizinglar kommunistlardan. Dedi Turkistonlik qo'mondon mansitmaslik bilan. ikkisi bir ish. Biz degan sizlarning do'stinglar. Obdan bilval qo'mondan. Bizning o'z vatanimizni kommunistlardanmi, sizlardek xoin dushmanlardanmi irg'dash qurbimiz yetadi. Yordamga ehtiyojimiz yo'q. Biz shuni nihoyat yaxshi bilamiz. Biz degan islomga ching esilgan xalq. Buning o'zi kommunizm va boshqa har qanday botil ideyalarga qarshi nihoyat yaxshi qolgan. Sizlarning yordamni qabul qilmay kajlik qilishinglar dushmanga obdan fursat bo'lib berilgan bo'ldi. Dedi Xitoy qo'mondon. Sizlarmi o'xshashli dushman. Shinshisey sizlarni sirt o'qay qilib etamikin. U ablah hozir qochadigan tushk topolmay Urumchida muhosir ichida qoldi. Bo'ptimsa, kaga yerimizga ketaylik. Bu xatarlik dushmanni yo'qotish ishini yolg'iz o'zinglarga qo'ydik. Bir qancha kun o'tmayla dushmanning hilasi o'ttirib chiqdi. Xitoy yordamchi qo'shini chegara qo'g'ilchi birliklarimizga hujum qildi. Ularning soni Xitoy askarlariga solishtirganda xilali oz bo'lib, jasurlarcha elishgan bo'lsa-mu, bu kuch solishtirmasi g'oyat zo'r bo'lgan jangda mag'lub bo'ldi va Xitoylar chegarani bosib kirdi. Xitoylar xalq bilanmi tutishdi. Nurg'un askardan ayrilib qolishgan bo'lsa-mu, Urumchiga yaqinlab qoldi. Bu chaqda Urumchi Osman Botirning qo'shini tarafidan muhosir qilinib, Shinshisey uchun qochqili bo'lmaydigan turmaga aylangan edi. Yordamchi kuchlarning kelganligini anglagan Shinshisey ruslardan butunlay yuz o'rib, Jiang Jieshiga bo'ysunganligini e'lon qildi. Bu e'londan keyin yangi kelgan Xitoylar qurt qo'ng'izdek hamma tarafdan yamrab, Osman Botirning qo'shiniga yupurilib kelishdi. Azimatlar, men texi umidni o'zmidim. Dedi Osman Botir. Vabodaki yonon kelayotgan buncha ko'p Xitoyning orasidan biz nagim chiqib ketalaydik, general. Tog'larning mehr shafqatli qo'yniga. Qandoqsiga? U yerda qaytadan boshlaymiz, Mustafa. General, nima demoqchi ekanligingni bilaman. Urumchining atrofidagi jangni davom qilishni, shahid bo'lib ketguncha bardoshlik berishni umid qilasan. Bu nihoyat ulug'vor ish. Lekin uningdimi ulug'vor bo'lgani hayot qilib, fursat tepib, islom diyorini kofirlardan tozalash, mujohidlarga uqtirish qil. Taq qarab yo'lga chiqamiz. Yardallarimizni, shehidlarimizni va ular bilan birga qayg'umizni ko'tarib, taqqa qarab yo'lga chiqdik. Tushkunlashmagan edik. Aksicha xushal edik. Chunki dushmanni yengolmagan bo'lsak-mu, xili ko'p talafotga uchratdik. Nurg'un odamini yo'qotdik. Xili ko'p chiqimdor qildik. Bizning shavkitimiz bo'lsa, sunug'ini yo'q. G'ayratimizmi suslab qolgani yo'q. Tağlar, sevirlik ve subatlık azimetlerinin yüzlerinden balqıgan nur bilen yanı tağını kütüp aldı. Kur'an taşlar üstüde namaz sepleri tüzüldü. Tekbir sadaları çılgılarını kapladı. Manevralar yanı baştan başlandı. Külkülük bir haber yetip geldi. Jiang Jieshi özü yardım kılıp kutquzgan Shinshiseyni vazifeden elip taşlap, Şarkı Türkistan'daki reislikке Wu Zhongxin isimlik başka bir Xitayın tayinlep demiş. Bu haberini anlayan Osman Batur külümsürep durup,
Sahip bo'lmagan narsasini loyiq bo'lmagan birlarga tartoq armag'an qilishib ketgani. Vatanimiz xuddi ularning dodisidan qolgan itizliqdek. dedi. Yangi kelgan bu Hu familiyalik qattiq qo'l, rahimsiz biri edi. Yangi o'ltirgan bu mansab taxtini mustahkamlash uchun qo'lidan kelgan har qanday vahshiylikni qilish bilan ishini boshladi. Bu qattiq qo'l siyosatlarining tunji qadamini Turkistondagi o'qimishli kishilarni yo'qotish bilan boshladi. Yozuvchi, shoir, ulamo, hatto burun qo'liga qurol ilib boqmaganlarmi omon qolmadi. Dahshatli dar maydonlari hozirlandi. Bu vaqtdagi qo'rqinchli xabarlar vatanimizning har tarafiga yayildi. Tog'ning havosini parishonlik qoplab ketdi. Mansur Durg'a Xalqning ruhini o'ltirmoqchi bu zolimlar. dedi. Kalla sochiq kishilarni xuddi qo'y bo'g'izlagandek bo'g'izlayotidi, dedim mayslangan holda. To'g'ri deysan. Din va esil fikr millatning vijdonidir. Bu abdahlar mushundoq qilib daraxtni yiltizdan quritmoqchi. Mansur Durg'a ko'z yoshlarini tutolmay yana. Men taniydigan bir shoir bor edi. İnqilob haqida, kelgusiga umidvor qarash haqida she'r yozgan, dedi. Menmo bir olimni taniydim. Tuman ichida yo'lini topolmay qolgan yoshlarga islomni o'zgacha ta'sirli usulda tushuntirib, aql ko'zlarini ochgan edi. Maktablarda o'qiyotgan kichik bolalarni namoyishlarda zafar marishlarini to'lg'anligi uchun dar maydoniga so'rab opirishdi. Quchqitki bu o'qining yig'isining chiroyli gaplar bilan to'xtashga tirishayotgan cho'lpon kirib keldi va u ziyolilarning u yerda nima ishi bor? Qo'liga qurol ilib, tog'larga chiqib mustaqillik jangiga o'zini atayolmagan ziyolining o'qig'ining nima foydasi? Haqiqiy ziyoli emas ular. dedi. Men afsuslangan holda. O ziyolilar, ulamolar o'zirlik hisoblanadi. Xalqimizning ularning vazn-nasihatlariga ehtiyoji bor. Ular tog'i toshlar orasida qurol ko'tarib jang qilganlar bilan o'xshash vazifani ado qiladi. Hatto ularning jang maydoni texim xatarlik. Ko'rmadingmi azizim? Shunglashqa Xitoy dushmanlar eng avval shularni yo'qotishga atlandi. Chunki ular bu kishilarning o'zlariga xatar olib kelganligini biladi, dedim. Partizanlik urushlari yana boshlandi. Xitoylarmi jangning tek oyoqlashmaganligini tushunishga boshladi. Her fursatda tog'dagi azamatlar shaharlarga kirib, askarlarni yo'qotib, selib olgan binolarni portlatib, ularga ziyon selib turadi. Ular o'zlaricha muqimlikni saqladik deb xamchi so'qib qolganliklarini anqarishga majbur bo'ldi. Xitoylarning vaqtlik zafari azob-uqubat, badal to'lash va alamga aylanayotdi. Dal mush vaqtda ili tarafdagi xalqmi ixlosman bir islom olimi bo'lgan Alixon To'ra boshchiligida inqilob qo'zg'ab, Xitoylar bilan qattiq elishlar natijasida ili rayonining hokimiyatini qo'lga olib, mustaqillik e'lon qildi. 1944 yil noyabrda Alixon To'ra Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining raisligiga saylandi. General Osman Batur odamlar bilan birlikda uningga bay'at qildi. Osman Baturdek muhim qo'mondonning tajribalari natijasida Oltoy va Cho'chak istilodan qutuldirildi. Xitoy dushmanlar ig'ir talafotga uchirtildi. Rais Alixon To'ra buyruq tushirib Osman Baturni Oltoy viloyatining valiyligiga tayinladi. Alixon To'ra bu zafarga o'zi yolg'iz erishmagan edi. Sharqiy Turkistonni Xitoylardan tozalash sharti bilan ruslarning ko'p miqdorda qurol-yarog' yordamiga erishgan edi. Bu Xitoylarni tozalash uncha osonga to'xtamadi. Taslim bo'lishmay jahillar tirkishdi. Turkiston islom qo'shiniga jangchilar to'xtamay qitilib turdi. Xalq jabr-jafo va parishonligining kaynidan ruhlanib, qaytadan umidga to'ldi. Lekin Mansur Durg'a zafar qozlayotimiz, lekin men yanada ansirayotman, dedi. Ansirashga hojat yo'q. Muvaffaqiyatning bileklarimizning kuchidan kelganligini bilib oldik, dedim javoban. Mansur masxarlik kulib, qurol bo'lmasa bileklarimizning qanchalik kuchi bo'lsin, dedi. Mansurning ruslar Alixon To'raga ta'minlab bergan qurol yaroqlarni ko'z tutayotganligini tushundim. U ruslarning niyatidan gumonlanadi. Bo'libmi ruslar germanlarning ustidan g'alaba qilgan mushundaq paytda bizning kichik vatanimizning o'yinchiq aylanib qolishidan ansiraydi. Kuchliklar tepishib o'ynaydigan futbol to'piga aylanib qolishidan qo'rqatdi. Dunyo o'zgaryapti, Mansur. Dunyo urushlari insonlarga unutilg'usiz saboqlarni ato qildi. G'oliblarni texmo g'adaytib, kibr ato qilgan tayinliq, dedi mo'risini qisib qo'yib. Mustamlikchilik boshqa bir narsaga aylanadi. Nima demaksan, Mustafa? Mustamlikaning o'rnini do'stlik egallaydi. Bizga yordam berganlar bilan do'st bo'lishning nima yomoni bor? Mansur kichik balam qarab mundoq dedi. Bilamsan, men mushu balamga qarasam yurkim o'rtanadi. Nimishqa? Sen xatar va mag'lubiyatlarni bizningga tortib tugitib bo'la oladiganligimizni o'ylamsan? O'g'ling davriga kelganda
ahvol cho'qim texmi egri bo'ladi. Çolpan balasını mehir bilen çın qucaqlab söyüp durup Balam to'g'risida undaq gaplarni qilmang. dedi. Külüp kettim. Mansurmu külüp ketip sözünü davamlaştırdı. Mag'lub bo'layotgan Xitoylar sulhga talab qilishdi. Biz rad qildik, Anlamadingmi? dedi Mansur men tarafga sal yaqinlashib. Rossiya rais jumhurini bu sulhni qabul qilishga zo'rlab o'tibdi. Qandaq sulh ekan o? Dedim men zardi bilan. Mansur bilmedim degandek mo'risini qisib qo'ydi va Bizning yerim mustaqilligimiz, ya'ni muxtoriyat, avtonomiya, Xitoylarning chekinishi, ularning o'rniga bizning olmishimiz dedi. Unda bo's bo'ldi ekan-ku. Lekin men bizning vatanimizning tamoman mustaqil bo'lishini umid qilaman. Ammo ruslarning g'arzi xalqning orzusini besib shuvatidi. Biz Xitoyning shartsiz taslim bo'lishini, butunlay mag'lub bo'lishini orzu qilamiz. Biroq ruslarning g'arzi boshqa. Sen bilasan nima ekanligini. Balani bezlab o'tirgan Çolpan gap qo'shdi. Biz zar bo'lgan tinchlik yetib keldik. Shaharlarimizga, uylarimizga qaytib keldik va biroz rohat topdik. Meningcha kelgusi texmi parlaq bo'ladi. Mansur bosh barmoqni chiqarib ishorat qilib qo'yib Ayollar doim ishning yaxshi tarafini o'ylaysizlar. dedi. Ondan quloqimga yaqin kelib mundoq deb pichirladi. Osman Batur ruslarning taklifini rad qilyotdi. Lekin mustaqilligimiz rasmiyat usulda bo'lgan, yerim mustaqillik bo'lib qolgan chiroy. Xitoylar chiqib ketsili bo'ldi, boshqasi muhim emas, dedim men. Mansur yana mo'risini qisib qo'ydi va Kim biladi? dedi. Saylam o'tkazilib, kelajakdagi yo'nalish haqida qaror beriladigan muhim paytlar yetib kelish oldida shaharlarda parakatnichiliklar ko'rilishga boshladi. Siyosiyonlar va mutafakkirlar orasida negizlik bo'linishlar bosh ko'tarishga boshladi. Lekin Rus tarafdorlari o'tishga moyil bo'lib, ichki jihatdan belgilik yo'nalishlarga tilga ilingan suhbat sulhlarga qaratib yetlab ketib boratdi. Bu kishilar deb ruslarni maqtaydi. Sharqiy Turkistonga qilgan qurol yaroq yordamini ko'ptirib madhiyalashadi. Aslida xalqning qalbi birlanarsiga, vatanimizning ozodligiga, islomning qo'rg'ini oldiga qaytish ustida birlashgan edi. Lekin suhbatlar natijasida berilgan qaror mundoq bo'ldi. Xitoyning G'arbiy Shimol rayonining qo'mondoni Jang Jijong Sharqiy Turkistonning raisligiga tayinlandi. Uningga 3 yordamchi Liu Mungchan qatorliqlar edi. Bu to'rtaylarning vazifasi kelishimda ma'qullangani bo'yicha saylam elib berish edi. Kishilar bu yordamchilik saylangan 3 kishining ruslarning xolis yordamchilari ekanligi, vijdonlarini shaytonga sotgan qizil pochoq kommunistlar ekanligi haqida kusuldishatdi. Lekin maqsadlik elib berilgan tashviqotlar ularni bu shubhalardan yiroq qilishga tirishatdi. Ularni vatanning ozodligi uchun zo'r tuhfalarni qo'shgan milliy qahramonlar qilib ko'rsatdi. Xalq inqilobining go'zal bir shaklda g'alaba qilishiga yordamchi bo'lgan Sovet qurol yaroqlariga ega bo'lishda hal qiluvchi rol o'ynaganlarni ta'kidlashni unutmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, vatan xalqi saylamga tayyorlik qilyotdi. Chunki xalqning qarori yanada bek muhim edi. Necha yillardan beri dushmanga o'zini qalqon qilgan vatanning mustaqillik uchun tinim topmay kurash qilgan azmatlarni ahmoq qilaman deyish oson ish emasda. Dal mush vaqtda ruslarning Ili, Altay, Cho'chakdan iborat 3 viloyatni qo'lga kirgizish uchun harakat qilayotganligi xabari keldi. Rais Alixon To'ra umum muxtor e'lon qilib mundoq dedi. Vatanimizning bir uchun tuproqini bermaymiz. 3 viloyatga mudohala qilishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. O'rislarga qaytir hujum qilishga tayyor bo'linglar. Chekinmay qolsa hujumga o'tamiz. Vatanimiz Ruslarning hiyla-mekar va fitnalariga to'shib ketdi, dedi Osman Batur. Ruslarning to'ymas nafsi haddini bilsa bo'ladi. Butun dunyo urushdan qolgan yaralarni amlash bilan aldirash. Stalin degan tash yurak bo'lsa, rahim qilish deganni bilmaydi. dedi Alixon To'ra javoban. Urush tugdimikin desak, tex tugmabdi. Alixon To'ra Osman Baturga yaqin kelib, Baturum, odamlaringizdan yana qaytib tayyor bo'ling, dedi. Siyosiy sohada bo'layotgan ishlardan ko'nglim ba'zi ishlarning yuz beradiganligini to'ydi va ayolimga Çolpan, ketadigan vaqt bo'ldi. Urumchiga. Deyishimga Bu yerga borg'im yo'q. deb vaqirab ketdi. Aslimlarim meni azoblaydi. Qumul Qumulmi o'xshash? Seni va meni parishon qiladigan so'z cho'chaklar tarqalgan u yerda. Kashgarga berishga nima deysansa? Bo'ladi.
U yerda o'g'limiz bilan birga yashaysan. Men tog'larga atlanaman. Açıklar qaytib keldi. O'rislar cho'qim bedel to'ltidi. Elixon Töre ailesi bilan birga raislik qasrida o'ltiratdi. Bir kun kechida atrof tip-tinik. Kishilar uylariga qaytishib, kelgusi saylov haqida munozaraga tushgan bo'lib, atrofda hech kim ko'rinmaydi. Tuyuqsiz bir necha qurolliq yosh kommunistlar qo'llarida qurol ko'targan holda o'yliq besib kirdi. Ko'zlari va yurish turishlari ularning xiyonatini oshkorlab turardi. Kimni izlaysizlar? Dedi Elixon Töre. To'ram, biz bilan mangsizlar. Sizlar mening rais jumhur ekanligimni unutib qoldinglarmi? Bilamiz. Lekin chiroyliqcha biz bilan mangsizlar. Bo'lmasa o'q chiqarishga majburmiz. Shundoq qilib Elixon Töre yo'qolib ketdi. Kishilar kusuldishga boshladi. Nimishqa juma xutbasiga chiqmadi. Nimishqa va'd qilishqani bo'yicha o'zi burun yo'l yo'riq bergan qurolli qismlar bilan uchrashib, Xitoylarga qaqshatqich zarbiga o'tmadi. Elixon Törening qayerga ketganligi haqida har xil so'z-so'zaklar tarqadi. Lekin hukumatdan chiqarilgan rasmiy bayonotda uning davolanish uchun Arshonga ketganligini uqtirishdi. Yangi bir dahshat xabar hammamizni hayron qoldirdi. Stalin qo'lga kirgizishni ta'min qilayotgan 3 viloyatdagi Ko'chko'y, Etizariq, zavod fabrikalar hujumga uchrayotdi. Bu yerlarda Rossiyaning hukm surishini xohlamaganlarni bir-birlab yo'q qilib o'tib boradi. 3 viloyatga Turkistonlik mashhur Ahmadjon Qosimiyni rais qilib tayinlaganlik qarori e'lon qilindi. Ruslar Oltoyni ishg'ol qilish uchun yetib kelgan chaqda Osman Batur odamlari bilan ularni to'sib jang qildi. Urush boshlandi. Ruslar odam kuchi jihatdan xilal afzallikka ega edi. Shunga Osman Batur G'uljining tabiiy istehkamdek mustahkam tog'larining keyinida mudofaalandi. Bir qatimliq jangdan keyin Mansur Dorg'a oqsab minib kelayotdi. Uning holatini ko'rib ko'zlarimdan yoshlar oqib ketdi va nim bo'lganligini so'radim. Mansur achchiq kulib qo'yib, Har qatimda yaxshi ko'rgan biror narsamdan ayrilib qolyapman. Oldingi qatim bilkimdan ayrildim. Ondan yaxshi ko'rgan ayolimdan. Oraliqdagi qisqagina tinchlik mezgilida 6 oyda bir tul ayol bilan uylangan edim. Qaramamsan, uning beshiga kelayotgan kunga. Uning pachiqimga ruslarning o'qi tegdi. Kulkili yeri, mavo qo'limdikismi ular oldin qatim bizga yordam qilib bergan mutxning o'zi shu. Ko'rmaganni ko'rsan o'lmagining degani shu o'xshaydi, dedi. Asrab o'lmadigunicha yana tashlanib o'ltirib, qo'rqilib suv ichishga boshladi. Bir hafta suvsiz qolgandek chanqab ketgan edi. Ondan pachiqdagi tamoqni yeyishib, lay to'plarni tozalab o'tib, qaytadan mahkam tamom oldi. U petayotgan quyoshning hosil bo'lgan qon rangli ufqqa qarab, har qatim kunning petishiga qarasam, yana bir oxirlashishni, hamma narsaning nihoyatda yo'q bo'lib ketganligini o'ylab qolaman, dedi. Mansur, nimishqa buncha ular qayg'ursan? Buningki meni mag'lubiyatchi deb chaqirsang bo'ladi, dedi va bir Turkiston xalq naqsiga g'ingshishga boshladi. Samavarim bo'lsaydi, chaylari qaynab tursaydi, bir chini chayni ichkicha yarim o'ynab tursaydi. Samavarning soziman, cho'lda uchqan g'oziman, dushman bilan jang qilib o'lib ketsam roziman. Men Mansurga chiqishib, sening o qirqdan oshqa yaring alla burun she'rini o'qib ketganda bu chaqda, dedim. U mayslangan holda. Sana demaganmidim? O'rislar qilurini qildi mana. Mana bu 3 viloyatni bilib oldi. Endi boshqa viloyatlarga yamrayotdi. Qashg'ar va Urumchida ta'sir doirasini kengaytiryotdi. Sovet konsulxonasi kishilarni o'ltirib, bulon-talon qilmoqda. Hadab odam sotib olmoqda. Ular yig'ivili verib, oltin kumushmi qolmadi. Shunga mol bahsi necha hassa o'rlab ketdi. Ko'ryapsan, ularning diniy, siyosiy, iqtisodiy va ideologiyalik buzg'unchiliklari yetmagandek oddiy xalqqa shum qo'lini so'zyapti. Biz istikam qurgan joy ba'ayni tabiiy qurgan bo'lib, ruslar bu davondan eshib bizga hujum qila olmaydi. Bizga hujumga avatilgan bir necha atrat rus askarlarining hammasini tarmar qildik. Zamonaviy urush taktikalari bilan partizanlik tajribalarimizni birlashtirib taqobil turatdik. Rus doiralari orqamizdan yolg'on yovada xabarlarga to'lgan bildirgi va kitoblar tarqatishga boshladi. Hujumlarimizga pisand qilmagandek va ziyon qo'shirmagandek ko'rinishga tirishadi. Lekin Osman Batur uzun o'tmayla buyuk va qo'rqinchli bir hujum planladi. Qurollangan minglagan kishi Oltoyga qarab atlandik. Rus chivillari va gumashtilari bizdan qo'rqib ketishadi. Shuning bilan Osman Batur ikkinchi qatim shaharni qaytadan qo'lga kirgizgan bo'ldi. Bu kuni Mansur Dorg'a Tul qolgan ayolimning taliyi, Tasqalda yana bir qatim tul qolg'ili, dedi. Shaharga kirganimizda
roman lichak salgan ayollar Osman Batur va bizlarni g'alaba o'langlari bilan kutib oldi. Erlar bar ovozda shuar to'g'lishatdi. Bolalarmı nazik ovozlari bilan qahramonlik marishlari o'qiydi. Qachonki zafar qozonsak, vatanimiz shu omon burunqidek shodlik chumatdi. Munarlar qayta jonlanib, takbir va azon sadolari to'rt atrofni bir alatdi. Yana bajoyiki Farabi, Biruni, İmam Buxoriy va Ibn Sinolar to'n sarpakiyib, salli yogab bir yoqida jihadimizni olqishlayotgandek, qutlayotgandek qiladi. Shundaq vaqtlarda har doim mushtoyog' chumatdim. Yangidan tirilganimizni ko'rib, qalbimda bir rohatlik, bir mag'rurlik his qilatdim va ruhim parlaq kelajak uchun jo'shoratdi. Mansur Durg'a mayiz ahangni so'zlayotdi. Biz soğuk çöküp ketayotgan kişiga o'xshab qapdiq. Undaq odam bütün kuchini ikki birkiga yig'ib o'lim bilan elishidi. Shuncha kuchsimi to'lqinlarning shiddatli urushlariga bardoshlik berilmay, cho'kib ketishga boshlaydi. Oxiri zulmatli dengiz ostida hayoti bilan vidolashidi. Ah, Mustafa, biz dal shu holga qoldik. Seningcha biz o'lib ketsak, bizni asaydiganlar chiqarmi? Mansur Durg'a yenimda o'ltirib, suvga cho'kib ketib borgan odamni do'rayotdi. Hayajon bilan suv o'zganni taqlid qilib, oxirgi savolni so'raydigan chaqqa kelguncha xuddi rastilla to'lqinlar bilan ilishgandek hasirab, yo'milib ketgan edi. Bizni bir kimlarning aslashining nima qimmati bo'lsin? Dedim javoban. Javobimdan o'zimni hayron qoldim. U jiddiy qiyofatda. Nihoyatda buyuk qimmati bor, dedi. Qandoq? Agar kishilar bizni unutib ketsa, demak biz bir umr kurash qilgan sharafli davoyimiz unutilib ketdi degan gap. Odamlarning o'lib ketishi bilan davom o'lib ketadigan ish yo'q. Mansur ma'nli kulib qo'ydi va so'zini davomlashtirdi. Davo qilgan odam bo'lmasa, davom bo'lmaydi. Xo'jinaz hoji o'lib ketdi. Sharifxon to'rimi? Begmi o'lib ketdi. Biz beg yoki qo'mondon bo'lmasakmi? Davo o'lmadi. To'xta, gapimni bilmay tur. Mening tunji ayolim o'lib ketdi. Boshqa bir cho'kan bilan uylandim. Davo yana o'lmadi. Lekin nihoyat afsusnarligi biz texnicha to'lqinlar bilan elishib, jon talashyapmiz. Seningcha bexatar qirg'oqqa urisharlarimizmi? Yoki qutqizish kemiskilarmi? Yoki bo'lmasa zulmat qorong'ulikda o'lim bilan uchrasharmizmi? Oltay bizning qo'limizda edi. Osman Baturning yeniga keladigan qo'zg'olonchilar bargan sir ko'payib, qo'shin kishilanotdi. Vatanimizning dushman ishg'oli ostidagi va yoki kommunist xoinlarning qo'lidagi yerlardan nurg'un kishilar kelib bizga qatildi. Vayron bo'lgan savdogarlar, mol-mulki musodir qilingan boylar, yo'l echish, temir yo'l yasash degandek ig'ir ishlarga majburiy silinib, bir vaqt nachar tomoqdan boshqa hech qanday haq berilmagan faqir kishilar, har turli qiynash, xo'rlashlarga duchor bo'lgan olim ulamo, ziyolilar. Bir kuni ruslar qo'shin boshlab ketib keldi. Osman Batur ularning bundoq kelishiga ideyaviy tayyorlik ko'rib qo'ygan edi. Lekin bu qadim ular pek cho'ng qo'shin bilan kelgan bo'lib, Oltay rayonining har tarafini kalkundaq qoplab ketdi. Uning ustiga ular o'z zamonidagi dunyo bo'yicha oldin qatorda turadigan qurol-yarog'lar bilan qurollangan bo'lib, nihoyat qattiq va qonliq jang bo'ldi. Ulardan nurg'un odamni yo'qotdik. Bizmi pek ko'p qurbonlik berdik. Lekin ular Oltayni yana bir qatim ishg'ol qildi. Bizmi taqqa qaytib chiqdik. Bu yerdan Barko'lni bazi qilib sharqqa chekindik. Osman Batur bizga: Hammamiz o'lib tuguguncha kurash qilamiz, dedi. Beshimdagi qanaqotgan yarini tozalab, temib qo'yayotgan Mansur kulib: Biz ajabmi os o'lyapmiz, ha? dedi. Qaytirilishga ishonmamsan? Qaytirilishga albatta ishonaman, dedi Mansur ko'zlarini yiroqdagi tinch va mo'liq ufuqqa tikib turib. Lekin biz oxiratda qalbimiz pok-pokiz holatda tirildirilmiz. Biz bilan o'shmanliklarimiz tangtirilmaydi. Men Xitoylar va Ruslardan shunchalik nafratlanamanki, bu nafratdan xalos bo'lib ketsam, cho'ng bir lazzatdan quruq qolgan bo'laman. Shunga men Rabbimning meni oxiratda mushu nafratim bilan billa tirildirishni umid qilib duo qilaman. Bu odamiy shaytonni bo'lgan mal'ullar
insonning aqli yetkisiz vahshiyliklarni qilishyotidi. Ah Mustafa, bizning asirga tushib qolgan sabdoshlarimiz bor edi. Bilsan-ku, ularni tanklarning zanjir tapallariga bog'lab yanjitgan vahshiyliklari, shundoqla ularning ko'z va quloqlarini qorga ilib etishib, basashganlari esingdimi? Jangchilarimizni bir-birining uchaylar bilan bo'g'ib, o'yin chiqarishganliklari, o'limolimizning birini bir shahid qo'mondonning uchiyi bilan bo'g'ib o'ltirganligi esingdimi? Bularni inson deyishga kimning tili borsin? Mag'lub bo'lish bizga bekor kelgan edi. Ruslar yangi kelgan Xitoy rais bilan bizning g'ururimizni yerga urishdi, ittifoqlashdi. Chunki u ruslarga o'xshash kommunist edi. O'ng so'limizga qaraydik. Bizning na do'stimiz, na ittifoqlashimiz yo'q edi. Osman Batur ko'k yuziga qarab, ko'rsatkich barmoqi bilan yuqini ishorat qilib turib, Allah biz bilan billa. dedi. Erib oldin ketgan qonlar ichida og'riqdan ingrayotgan jangchilar kuchlarini yig'ib, Allohu akbar sadolarini yangratdi. Mansur Durg'umanga Tog'larga qarab ketib boramiz. Shaharga qaytib kelib kelmasligimiz noma'lum. Shaharga bir kirib chiqsa, qandoq deysan? Ayolimni xotirjam bo'la olmayapman. Ayoling va balangni ko'rgin kelgan do'stingmi? dedi. Rostini aytganda, cho'lpon va cho'pchonli bo'lib qolgan o'g'limni to'lim seg'ingan edim. Lekin biz inqilobchilar haqida tutish buyrug'i bor edi. Agar dushmanning qo'liga tushib qolsak, gap yo'q, o'lib ketadiq. Tashvish ichida mundoq dedim. Shahar biz uchun o'lim maydoni deganlik emasmi? Ölümden qo'rqib qolarmidik, Mustafa? Yur, yo'lga chiqayli. Yoshunun berib Rus ishg'olchilari paydo qilgan dunyoni ko'rib baxmamdik. Shaharda tayinli qizil bayroqlarni, kompartiya shuarlarini ko'ramiz. Balki shaharning marsiya va vido qasidasi o'qitganini ko'ramiz. Shaharlarmi odamga o'xshaydi, qayg'uradi va azoblanadi. She'r o'qib muңlanadi, mang'izlari qiziradi. Shaharlarning ruhi bor, insonga o'xshaydi. Menga ishon. Biz kimligimizni yoshirib yo'lga chiqdik. Ba'zida podsholardek kiyinatdik. Ba'zida bir-biridan tilib yurayotgan tilim siyaqida, ba'zida ammal yoki qurilish ishchilaridek yasinatdik. Ba'zida kommunistlarning orasiga kirib, ularning sharaflik shuarlarini tovlashib, biror mutaassib qo'zg'olonchini tanqidlashga qatnashatdik. Albatta, boshqalarga o'xshash beshiga tosh atmadik. Aksicha, qalayimqanchilikdan foydalanib, qizil qo'g'irg'uchilarning rus bo'lamdi yoki turkistonlik kommunist bo'lamdi, beshiga tosh etib oldik. Etraf intayin qalayimqan edi. Qur'onlar, tafsir kitoblari, hadis kitoblari, bo'libmi ajdodimiz Imom Buxoriyning hadis kitobi va boshqa fiqh, tavhid kitoblari purlanib, yirtilib, ko'chalarga tashlatilgan bo'lib, dushman askarlari yig'ib, o't yoqib, sinib o'ltirishadi. Necha kechilik mushaqqatli safardan keyin Mansurning ayoli turayotgan uyga yetib keldik. Namoz shamoga oz qolgan vaqt edi. Mansur oldi bilan kirdi. Ondan uning jaranglik kulgan ovoz anglandi va vaqirab turib, Kel, keliver Mustafa. Bu xotin haya parishebni yo'qotibdi, dedi. Bir ayolning yig'i aralash. Keldingmi Mansur? Seni o'lib ketdimikin debdiman. Deganligi anglandi. Kivalg'ning nima bu? Şeytanlarga Allah'ның laneti bolsun. Ular ko'chadalar rumilimni elib yirtib tashlavetdi. Romal atgan hemmeyleni şunda qildi. Çay şipimni yirtib ko'ydirvetdi. Uzun ko'nglikimning etek, yanlarning qaychi bilan kesib qisqartivetdi. Bizni taraqqiy qildirib madinashtirgani emish. Cho'kan qisqa qora ko'ylak kiygan bo'lib, yanlarning qisqaligidan qo'ltiqi ko'rinib qolayli degan, sochlari yelkisiga tushgan holatda bo'lib, qalbim mujilib, unutulg'isiz bir ta'sir paydo qilgan edi. Hem kulkilik, hem ayonchilik manzara edi. Mansur ayolini ko'rsatib turib, Qara, mana yangi Turkiston, dedi. Ayol izodin yig'isini to'xtatolmay, öksüp yig'laydi. Mansur uni mehr bilan quchoqlab turib, Yig'lama suyimlikim. Bu yerda uzoq turmaymiz. Xalqning kerakadigan yerlarga ketamiz. Taq chiqib ketsak, u yerda hech kim Qur'onni yirtmaydi. Sahihul Buxoriyni hech kim ichari yelmaydi. Mansur bilan atis ko'rishadigan bo'lib ayrildim. Cho'lpon bilan umoq bolamni bekmi sig'ingan edim. O'g'lim hozir yugurib taqlayolg'idek, dada deb chaqirolg'idek bo'lib qoldi. Bu sho'x bolamga haqiqatan ichim kuyatdi. Kechasi shaharning ichi vahima va xatarga to'lgan bo'ladi. Tong atqanga qadar harbiy holat yurgizilib, ko'chaga chiqish cheklanadi. Shaharning ichi nurg'unlagan natnish kishilarga to'lib ketgan edi. Xitoy va ruslarning ko'p miqdorda nüfus ko'chirilib kelayotganligi haqida anglaganlarimiz rost ekan. Hamda Turkistonlik yoshlarni 10 minglab, 100 minglab tutib, Sibiriya tarafga surgun qilib apirib,
ig'ir emgaklarga selib ishlatetdi. Oqqullar uchun uylarni, har xil faoliyat so'rinlarini, hatto fahishxonalarni selib beretdi. Erkinlik shuarlarini tovlashgan yoshlar ko'chalarga to'lib ketgan bo'lib, maktablarda, klub va ko'cha do'qmishlarida har xil kichik kitobcha varaqalarni tarqatishatdi. Bu kitobcha varaqalarda ulug' sotsializm inqilobi haqida, xalqlarning o'z taqdirini belgilash huquqi degandek mazmunlar bor edi. Va biz ismini anglab boqmagan qahramonlarni tunishtirdi. Osman Batur, Xo'janiyaz Hoji va Alixon To'ralarni bo'lsa, ban ko'rsatdi. Burxon Shahidini milliy qahramon, xalqning erkinlik jangchisi, taraqqiyparvar rahbar. Hozir muavin raislik o'rniga o'tirgan bu odam vatanimizga sirtdan ko'chib kirgan tatar bo'lib, kommunist Sovetni ulug'lab, proletariat inqilobini maqtab ushirib yuradigan biri edi. Bu men biladigan shahar emas edi. Odamlarimi o'zgargan, ko'chada anglangan til va gap so'zlarmi natunish edi. Ballarimi bu yerning ballari emas, yerim yalang'och ayollarmi asla bu shaharning ayollari emas edi. Oxiri ayolim turayotgan uy tarafga yetib keldim. Uni va balamni ko'rdiganligimni o'ylagan sari alamli qalbim hayajondan tupildashga boshladi. Cho'lponning chehriga qarasamla ichim ajoyib rohat bo'lib qoladi. Eshikni inik chekdim. Birisining ig'ir mangan qadam to'yishi anglandi. Eshik ochilganda hushimdan ketishga tas qoldim. Kimsan? deb vaqirab tashladim. Eshikni ko'zlari o'ltirishib ketgan, yuzlari qizirib tartishib qolgandek ko'rinadigan, chochlariga oq kerishga boshlagan biri ochgan bo'lib, quyuq burtiga yavatgan tamqining qoldiqlari chaplashib qolgan edi. Beshimdan oyog'imga bir qarab etgandan keyin, Mening kimligimni bilmamsan? Hamma odam tanıydı beni. Men pomishchik kapitalistlarni tutadigan qizil qo'g'diqchilarning kativishi, dedi. İlipni tayaqlaydigan bilimsiz, nadan ekanligi chiqib turadi. Gerçi yerlik tilda so'zlayapsimi, chiroyidan chet ellik ekanligi chiqib turadi. Yuz qurilmasi, bo'y basti bizninkilarga o'xshamaydi. Ko'zidan chachrab turgan nafrat texim shundoq. ezib qolgan o'xshaysan yo'ldosh. Dedi ve eshikni qo'pollik bilan yeb qo'yib bo'ldi. Ah, bu o'yning tilsiz bo'lib qolgani. Bo'lmasa, bizga nima xabarlarni yetkazar edi? Demak, bu o'ymi yotlarning qo'liga tushibdi. Buni kichik shakldagi ishg'ol desak, hargiz eshib ketmas. Ichimga bir endish tushdi. Ayolim va bolam qayerda? Önümni chiqarmay yaxshilikcha ketib olishim kerak. Meni tonib olsa, chatoqning cho'ngi shu. Tutilib qolsam, hayotimning oxirigacha zindondan chiqolmasligim aniq. U chaqda qo'limdan hech kelmaydi. Ro'yimni qoplab olgan endishini, qalbimdagi o'tliq isyonni besib, o'z-o'zimni savr qilishga va temkin bo'lishga chaqirib, u yerdan ayrildim va Ko'ni shahar tarafga qarab mangdim. Shaharning vayron bo'lib, yarim xarobilikqa aylanib ketgan bu rayonida meni, ayolimni va bolamni taniydigan kishilar bor edi. Masjidning xizmatini qiladigan bir yaqinim va ko'chaning do'qmishda satrashxonasi bor yana bir tanishim bor edi. U o'g'limning aqiqa chechini tushirib qo'ygan edi. Ey Iset, o'g'limning shu muborak chochlaridan bir tutam saqlab olgan bo'lsam-chi. Avval masjidga bordim. Taqoq edi. U yerdan hech kimni topolmadim. Satrashning do'koniga bordim. Satrach bir xaridorning chechini tushirayotgan ekan. Menga ko'zining quyruqida qaragan edi, ko'zlarimiz uchrashib qoldi. Burunqida qizg'in salom qilishga tamshiladim. U darhol ko'zi bilan ishorat qilib meni to'xtatib oldi. Ondan meni ko'rmaganga selib ishini davom qildi. Men bilan gaplashgisi yo'qdek turadi. Ichimda endi qanday qilarman deb o'ylandim va nimali bo'lmasin bir so'rab olay deb yondagi ko'ni yog'och o'rindiqqa kelib o'ltirdim. Satrashning qo'li tizishib ketdi. Oxiri ishini tugatdi. Xaridor pulni berib chiqib ketgandan keyin ishorat qilib boyoq odam qo'yib ketgan o'rindiqqa o'ltirg'izdi. Nima ishlar bo'lyapti Abduxoliq? dedim men. Bu yerga nima deb kelding? Dedi chigilishib ketgan chochlarimni yasagan qiyofatda harakat qilgach. Osman Baturning odamlarini tutib olgan yerda o'ltiryotdi. Shaharga qanday kirding? Tez ko'zdan g'oyib bo'l. Bo'lmasa jining ketadi. İstihza bilan, yo'ldosh, nima ish bo'ldi? dedim. Men yo'ldosh emas, jinimni saqlab qilishni xohlaydigan bir satrash xolos. Cho'lpon qayerga ketdi? Qechib ketdi. Aloqazodlik bilan uningga tikildim. U so'zini davomlashtirib,
Balasını ilip hiç kimge sezdirmey ketip kaldı. dedi. Yer zemin çörgüleşke başladı. Satraşның qo'lidagi qaychining ovozi charchab ketgan nervlarimni texim charasıltib etdi. Abdulxoliq mening qayg'u va g'azabdan elishib qolay deganimni his qildi bo'g'ay. Aqlingni ishlat, Mustafa. Biz hozir rahim shafqat deganini bilmaydigan, Allohni asla tonimaydigan kafirlarning qo'lida yashayapmiz. Uning gapini tasdiqlagan tarzda so'radim. Ayolim qayoqqa ketgandi? Qumulga qarab yo'lga chiqqan bo'lishi ehtimol. Nima ish qumulga ketgandi? U yergimi texi saq salomat boralgan bo'lsa, hamma yerda tut odamlarni tutib, mejib, o'ngga so'lga ittirib yuradigan gigant qo'ldan birisi paydo bo'lib qolgandek. Qara, nimalarni deb ketdim. Qandoq ifodalashni bilolmay qilyapman. Xalqning beshiga kelgan bu dishvorchiliklarni bu rayon butunlay ruslarning qo'liga tushib ketdi. Bu yerdan tezroq ketib olganing yaxshi. Qattiq ketmayman. Uning yadang'i yuzi tatirib ketdi va titrak ovozda. Pasrak gap qilgan Mustafa. Gitlerdan, Germaniyadan kuchlik emassan. Biz degan har tarafdan balo yig'ib turgan, to'rt tarafidan yov hovushib kelayotgan ojiz bir xalq. Satrashning o'rindiqida birdam o'ltirdim. Do'kondan chiqay deyishimga Abdulxoliq maydonga bir tal ko'min sizninkini taqab qo'yib, bu iznak seni xili avarchiliklardan saqlaydi, dedi. İznekni maydamni yulib elib, yerda qalayimqan chechilib yotgan kesik chochlariga qaratib otdim va keltirib birni tükürib, xodin chiqqıcha dassab mejib etgandan keyin do'kondan chiqdim. Nagim borarman? O'z vatanimda turib, boshliqdek yerim yo'q, g'arib musofirga o'xshab qoldim. Ziminning huquqi mening qo'limda emas. Do'st bilganlarim mendan qochib Ayolim bo'lsa bu voqealarning qaynimiga cho'kib ketgandek g'oyib bo'lib ketdi. Mansurning qashig'i boray. Kechini shu yerda o'tkazay. Mansurning uyiga kirgan chog'imda ayoli bilan ikkisi dasturxonning ikki bo'lingida ta'tir qarishib o'ltiradi. Dasturxondagi tomoqqa qo'l tegmagan edi. Tuyuqsiz kirgachga ikkilisi cho'chib ketdi. Mansur nadomat to'kilib turgan sulg'un ko'zlari bilan men qaradi. Hech kimni topolmadim, dedim. Balasini elib ketibdi-da. Dedi Mansur 5-qab qo'yib. Ha, qayerga ketganligini hech kim bilmaydi ekan. Shundoq bo'lgani yaxshi. Dedi Mansur so'zlab o'tib, g'azabdan mushtumlari tugilib, burtlari titrab ketdi. Nima demoqchi bo'lganini anqara olmay turib qoldim. U yuragini alam pichqi tilayotgandek asrat bilan so'zini davomlashtirdi. Mening bu ayolim qutulibdi o'limning og'zidan, lekin egri badal to'labdi. Nima badal? Rus bolsheviklarni mehmon qilibdi. Tushundingmi? Baya keldi. Ularning mas'alas holda uyimga kirganini ko'rdim. Anglayapsan? O'z ko'zim bilan ko'rdim. Men ularning meni o'ldirib o'tishdan qo'rqib, bir burjakda chashqinda tugilib yushinib turdim. Bu mening bu ayolim bo'lsa, ular bilan ish-pesh tartishib, eg'iz burun yarishishga boshladi. Men uchunmish. Shundoq deydi. Men uchun qilibdimish. Gap qila. Hey, nomussiz xotin. Ayol dir-dir titrab, gaplarni qo'llashmay qolgan edi. O'libli qutlay deb o'yladim, lekin jur'at qila olmadim. Bosqinchilikqa uchragandan keyin nega berib, kimdan panoh tilashimni bilolmadim. Ey Robbim, omonatingni olsangchu, menga rahim qil Mansur. Ular bu depsenchilikni menga emas, butun o'limalarning, yurtcho'nglarning xotin-qizlarga qildi. Bu gaplarni to'qib olganim yo'q. Rost bo'lgan ishni da'vataman. Obdan, dedi Mansur ko'z yoshlari o'ngaklarni bo'ylab oqayotgan qiyofatda. Achchiq kinoya aralash. biz bu kechini sening aziz mehmon bo'lib o'tkazaylik. Nomussiz xotin. Ada degan ketimiz. Seni taloq qildim, taloq. Men nima deb soldim? Asli gunoh kimda? Dardimni kimdan ilyapman? Nima bo'ldi menga? Aqlidan adashgandek birdam osmonga, birdam yerga, yana birdam men qaraydi. Oxiri kallarchi qaqahlab kulishga boshladi. Mansur ikkimiz yanma-yan ketib boratdik. Mansur O'lib o'lishni o'yladim, lekin o'zini o'ltirib o'lish qo'rqinchaqlik, to'xiyraklik bo'ladi. Uning ustiga muqaddas dinimizning ko'rsatmalariga to'g'ri kelmaydi. Ammo menga bek eg'ir kelyapti. Mustafa, urushda yengildim. Uni azlab nomusimni, g'ururimni payxon qilishdi. Qo'g'day olmadim.
Özümni shunchalik yaramas, keraksiz his qilyapman. Bu ishlarning hammasiga bevosita men javobgar. Mening mas'uliyatim. deydi. Mansurning hali odamning ichini etishtiratdi. U ig'ir ro'yi azob ichida qolgan edi. Ko'z oldidagi hamma narsa tugishyotdi. Qo'zg'olon mag'lub bo'ldi. Qimmatli kishilarimiz qurbon bo'ldi. Azam munarlari, masjid qubballari yiqildi. Dinimizdan aziz biladigan islomiy qadr qimmatlarimiz dafsanda qilindi. Qiz ayollarimiz bo'lsa majburiy holda dushmanning ko'ngli ochadigan o'yinchiqqa aylantirildi. Qayg'u asaritim uninkidan kam emas edi. Shundoq bo'lsa-mu, uningga tasalli berish uchun sen o'zing ko'tarolmaydigan yukni ortibsan. Jahonning raftari ta'tir cho'g'layotgan bu kunlardagi ishlarga javobgar bo'lgudek o'zingni kim deb qolding? G'arbdan kelgan urus bosqinchilari, sharqdan kelgan Xitoy tajovuzchilarini yolg'iz jining bilan to'sib qola olgudek kim eding sen? Sen degan faqat ojiz bir inson. Zimmanga tushgan vazifani ado qilding, dedim. Vazifam? Dedi yo'g'on ichilgan ko'zlarini uzun ketgan yo'ldan uzmay turib. Vazifamiz texicha gadinimizda. Hayotda bo'ladiganimiz bir ishlarni qilishimiz kerak. Navoda bir kunda bo'lsa-mu, kurash qilganning foydasi yo'q deb umidsinib o'tkazsang, omonatga xiyonat qilgan bo'lasan. Ayolining oqibatining uningga bek ig'ir kelganligini tushunib yetdim va ayol kishi degan jiqqo, sana xotinkanmidi? dedim. Talvillarcha qaqahlab kulib qo'yib. Vatanimizning muqaddas tuproqlari bo'lgandi. G'urur, sharaf, nomus deydigan dars qolmadi. Bundan keyin qandoqmi yeb ichib, uxlab, balaliq bo'lib yashaylarimiz deyman, dedi. Bir to'p kishilarning qo'llarida o'rg'oq, palta degandek narsalarni ko'tarib, bir yoqqa qarab, oldirab ketib borganligini ko'rdik. Qurolliq soqchilarmi u yoq bu yoqqa o'tishib turardi. Yenimizni o'tib ketib borgan bir kishidan nima ish ekanligini so'radik. Kommunistlar masjidimizni tartib olib, ham material ambir qilmoqchi edi. Imom ishqi turib olib, qarshilik ko'rsatyapti, dedi. Angacha bizmi yetib bordik. Ular imomni tutib olib, masjidning qarshisidagi daraxtga chambarchas qilib bog'lab yotgan edi. Faşist kommunistlar imomni masxara qilib, yuzlariga tükürishga boshladi. Daraxtdan sundirib olgan chiviq bilan udul kelgancha savoytdi. Imomning bosh ko'zidan qon to'xtamay eqiyotdi. Mengishdan to'xtab qoldik. Mansur, "Nima to'xtaymiz?" dedi. "Boshqa yo'ldan mansaq bo'g'idek", dedim men. Mansur odamning tenini shirkandirib o'tgandek bir kulib o'tdi-da, "Yanimda Qur'onim bor. Meni hech kim to'sib qola olmaydi", dedi. Mansur tapanchasi bilan bir muncha o'qni qalin paxtliq to'nining ichiga yo'chirib olgan ekan. Men uningga nasihat qilib to'solay deb bo'lguncha yugurgunicha yiroqlab ketdi. Masjidning orqa tarafiga o'tib ko'rinmay qoldi. Yetishib olay deb yugurgan bo'lsam-mu, ko'zdan yo'qitib qo'ydim. Tuyuqsiz bir necha pay o'q etildi. Imomni urib, mazoq qilib kulishayotgan qizil qo'g'duqchilardan uchi orqa-orqadan yerga yiqilib, qon ichida sunaylinib yetishdi. "Allohu akbar! Mana Allohning intiqomi!" deb vaqirdi imom. Kishilar o'q ovozi chiqqan tarafga, masjidning o'gisiga qarashdi. Mansur Dorg'a masjid gumbizi bilan azam munorining orasiga yo'shirinib olgan bo'lib, beshi aran ko'rinib turardi. Shu asnoda Mansur, "Hey, dalmi kuchuklar! Bu degan Allohning uyi. Har qaysinining dafsani qilishini qarab turmaymiz", deb vaqirdi. Yuragim so'qishdan to'xtab qolgandek bo'ldim. Bek qo'rqib ketgan edim. Mansur o'limning bo'sog'isida turardi. O'zini o'p-o'ch qalakak atgan edi. Nima qilishimni bilolmay gangrabla qoldim. Mansur to'xtamay o'q chiqarib atdi. Yana bir necha kommunist yaralandi. Saqchilar yetib keldi va Mansurni ko'rsatib, "Satqon, "Aksiyatchi, xoin, xurofotchi!" deb varqirashga boshladi. Masjid gumbizi va azan munora qaritib o'qlar yog'dirilgandan keyin birdam jimjitlik hukm surdi. Atrofga qarab turganlardan bir qismi tarqalishga boshladi. Bir necha minutdan keyin Mansur Durg'uning beshi yana qaytadan ko'rindi va vaqirdi. "Jenim tinimdili bo'lsa, masjidga kirgizmayman har qaysingni. Yomon bo'lsang, jastimni desab ondan kirish. Bu degan Allohning uyi. Bu ablaqlar." O'q yomg'iri yana davom qildi. Tajovuzchilardan yana biri yer tishladi. Ularning ba'zilarida qo'l bombasi bor bo'lib, masjidning o'gisiga otdi va portilgan ovoz bilan tang atrofni istida qopladi. Mansur shaksiz o'ldi deb o'yladim. Birdamgacha yordamchi qo'shin yog'di va bu yer jang maydoniga, qon ko'niga aylanadi. Mansur nimishqin bunday qilgandi? Necha 10 kommunist allaqachon masjidni egallab bo'lgan edi. Mansurning bu yerda qarshilik ko'rsatishi ochiq haqiqatni o'zgartirmadi. Ko'chada turgan kishilarning ko'zlaridan shodlik uchqunlari chachraydi.
Ular gümbezning keyni turib, Allohning uyini qo'dayotgan azamatdan faxrlanayotdi. Bir necha minut ichida masjidning atrofi yana odamga to'ldi. Kishilar kommunistlarga toshlar, shig'illar bilan hujum qilayotdi. Kichik bir qo'zg'olon ko'tarildi. Kommunistlar kirarga tushuk izlab yurishatdi. Mansur azan munarining ustida ko'rindi va bar ovoz bilan to'ladi. Allohu akbar! Allohu akbar! Namoz qilinglar! Namoz qilinglar! Jamoat namozi! Atrofda umidsizlik ishida turgan mazlum xalqning ko'zlaridan hayajon yoshlari quyilishga boshladi. Masjidning imomi bog'liqdan qutulib, kiyimlarini kiydida tahorat elish uchun mangdi. Mansur chaqqonlik bilan munardan gumbazning yoniga tushdi va to'lab turib, Jamoat, bu balkim vidolish namozimiz bo'lib qolishi mumkin. Shundoq bo'lsa-mu, Allohning uyini yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Har bir g'irishni, har bir kesak teshini qo'ydinglar. Masjid biz uchun bir binodan iborat emas. Uning ma'naviy qiymati to'liq yuksak. Biz asrlar bo'yi mushu ilohiy qurg'onning soyasida yashab keldik. Kelinglar, ikki rakat namoz o'qiylik, dedi. Musulmonlarning ba'zilari o'lgan, yaralangan yoki qochgan dushman askarlaridan o'lja olgan qurollar bilan qurollangan edi. Mang'amu bir miltiq bilan bir necha pay o'q nisb bo'ldi. Iroqdan rus harbiy mashinalarida kelayotganlarning qarasi ko'rindi. Birdamdan keyinla masjid va atrofdagi kishilar o't ichida qoldi. Bir maydon tangsiz jang boshlangan edi. O'z-o'zimga Osmon Batur barko'lni saqlayotdi, dedim va chekinishga qaror qildim. Mansurni izladim, lekin uning masjidning bo'sog'isida qurolni ching tutgan holat yotganligini ko'rdim. Yana bir qo'li yoniga tashlanib qolgan bo'lib, yig'ilib qolgan qonga milinib turibdi. Uningga yaqinroq berib qaradim. Nafs to'xtab bo'lgan edi. Uning atrofida o'q tegib yiqilgan nurg'un kishi bor edi. Shehidlarning orasida boyiqi imomi bor bo'lib, ap-oq soqollari qip-qizil qonlar bilan bo'yalgan edi. Tezlikda ketib qoldim. Rahmatlik Mansur mas'uliyatlarining o'lguchi gadini turdiganligiga ishonatdi. Allohning lutfi bilan masjidning bo'sog'isida shehid bo'ldi. Ko'p kunduzda o'zi yolg'iz turib bir to'p xoinga o'q chiqara oldi. Atrofidagi odamlarni qo'zg'ab chiqdi. Baxt ichida jon o'zgarligida shak yo'q. Qumulga mangadigan yo'l xatarga to'lgan edi. Xaloyiq masjid voqeasi va ruslarning yuz o'rishi haqida paranglashadi. Saylam o'tkazdik deb xalqning ko'zini bo'ymoqchi bo'lishganlari. Shundaq bo'lishib qaramay, natija xalqqa payliq chiqib qolganda chidamaslik qilishib, suiqasd qilishganlari. Begunoh kishilar bilan turmalarni to'shqizganligi xalqning nazaridan qochmagan edi. Avom xalqqa hamma ish ayon edi. Gazitlarni to'shqizib berilayotgan xabarlarning yolg'on, uydurmalar ekanligini biladi xalqimiz. Kommunistlarning atalmish ozodlik degan narsani ko'ylab, urlashtirgan tabriklash faoliyatlari, valaqtakkurlarning ig'izlaridan ko'pik chachirtib so'zlayotgan jo'ylamalari, tamlarni bir olgan shuarlarning hammasi ishg'olni yoshirish uchun o'ydirilgan niqob ekanligi. Bu saxtipazliklarda ruslar bilan Xitoylarning hamshirik ekanligi hammaylanga kunduzdagi quyoshdak oshkora edi. Eli, Oltay va Cho'chakdan iborat 3 viloyat kommunistlarning qo'liga o'tib ketdi. Qolgan 7 viloyat xoin Burhan shahidining hukmronligida bo'lib, Stalinning o'rlashtirishi bilan u Sharqiy Turkistonning Xitoy kommunistlariga qo'shilganligini jakarladi. Bu xabardan keyin ommani yana aloqazodlik qopladi. Her uydan bir meyit chiqqandek atrof musibat tusini oldi. Kelish oldida turgan dahshatli vahima, xatar va hiyla-mikanlarga to'lgan zulmat qorong'ulik kunlarning aloqazodligi edi bu. Endi Xitoy kommunist armiyasining kirib kelishi bilan xalq zulmning qayta boshlanganligini tushunib ketdi. Halbuki vujudi va ruhiyatidagi yaralar texsa qaymagan, shalvarab turayotgan edi. Uni azdab, top istab chiqqan bu chilbörlar ikki tarafdan qistab kelmoqda edi. Qo'zg'olonchilar Osmon Baturning qo'mondonligida qarshilikni davomlashtirish qarori oldi. Yana bir guruh kishilardan tashkillangan bir hay'at sobiq muavin rais Muhammad ibn Bug'roning boshchiligida chet elga qarab yo'lga chiqdi. Ularning maqsadi Xitoy kommunistlarining zulmini dunyoga anglatib, yordam talab qilish edi. Bu hay'at 1949-yili 12-oyning 12-kuni yo'lga chiqdi. Ular Kashmirning Ladakh shahriga yetib borgan vaqtida başta birga yo'lga chiqqan safardoshlarning 4dan biri qolgan edi. Qolganlari ya chegarada Xitoy askarlari bilan qonliq etishib shehid bo'lgan, yoki yo'l ustidagi qattiq sovuq ochliq dasidan o'lib ketgan edi. Ularning sovuq va xatarlik tog' yo'llaridagi safari 2 oy davomlashganligi uchun hayot qolganlarning ba'zilarining putqo'llari ushib qolgan edi.
Ular mangan tağ yollari qar muz bilan qaplangan bo'lib, yo'l ustida 5 daryo bor edi. Tağ yo'li va daryo iqimining agri bugrilari sababidan bu daryolardan 200 necha qatim kesib o'tishga to'g'ri keladi. Tağ cho'qillarida havo shalang, oksigen kamchil bo'lg'achqa odam va uloqlarning burunlaridan qon iqib to'xtamaydi. Oxiri ulardan az bir qismi Kashmir poytaxti Srinagarga yetib bora oladi. Bu qatimliq safar xalqimizning o'z dini, erkinligi va mustaqilligini qo'g'dash yo'lida tortgan mislsiz jafo mushaqqatlarining unutilmas bir parchasi edi. Men Qumulga borgan bo'lsam-mu, Cho'lponni yoki o'g'limni topolmadim. Qumul shahri azob-uqubat, qayg'u-alam va yovning shumli qo'shqiyib turgan tashlandiq xarobaga aylanib qolgan edi. Xalq kommunistlarning keldiganlik xabardan keyin urkib ketgan padadak har tarafga petirab ketgan, ko'p qismi taqqa, ba'zilari kommunistlarning qo'li yetmaydigan yer izlab chat chegara yerlarga ketishgan edi. Osman Batur 20 ming kishilik qo'zg'olonchi qo'shin bilan bargah qurib turayotgan Barko'lga qarab yo'lga chiqdim. Sapardishim Mansurni masjidning bo'sog'isida mangulik uyqusida qoldirib xo'shlashganligim uchun mushaqqatli tog' yo'llarda o'zim yolg'iz meng'atatdim. Shu topda Mansur o'zining paqqani bilan vatan tuproqlarini sug'urib U har turli ilg'or urush aslahalari va buzg'unchi chirik ideyalar bilan qurollangan zolimning zulmiga qarshi kurash qilishdak ulug'vor bir g'oya uchun jinini pido qilgan edi. Suyimlik vatanimni aylanib chiqqan bu uzun safarim jarayonida tog'ning kishini sag'itadigan salqin havosi yuzimga urilgan chog'dagidek rohat va xotirjamlik his qilmagan edim. Chunki tog'larning qo'yni kishiga jimjitlik va beg'amlik tuyg'usi baxsh etadi. Bu yerda pokiz havoni ko'ksimga to'ldirib sumiralaydim. Qalbimning cho'nqur qatlaridan chiqarib turib tasbih va duolarni o'qiy olaydim. G'animat olgan yangi tipdagi qurollar bilan harbiy mashqni davom qilyotdik. Bu qurollar 2 dunyo urushida qo'llanilib, dunyoning nizomini ostin-ustin qilishdek vazifalarni ado qilgan qurollar edi. Lekin bular dushmanning aeroplan, tanka, minomyotlardan tarkib topgan qotillik mashinalarining oldida yanala oddiy qurollar hisoblanadi. Cho'lponni ko'ralgan bo'lsam, nimaga yaxshi bo'ladi, ha? Cho'p-cho'ng bo'lib ketgan o'g'lim yenimda bo'lgan bo'lsa-chi tixi. Uning bilan sirdashgan, uningga jang mahoratlarini, jushqun marshlarini, qurol ishlashni o'rgatgan bo'lardim. Ah, qalbim, seni munu quram tashlarda qetib ketdimikin? Oila bo'yicha jam bo'lgan, sevgi muhabbatga to'lgan xushal chog'larni eslaganda titirmasmikin deb o'ylab ekanman. Lekin senmi go'sh bilan qanday yaralgan yumshoq yurak ekansan emasmi? Mening gunoyim nima edi? Seningchi. Cheksiz ketgan ufqqa qarab, etiz dalalar, o'rmon yayloqlar qilatdim. Bu kishilarning ichidan yolg'iz o'g'limni izlab, hammaning chiroyini ko'z oldimga keltirib boqatdim. Cho'nqur xayollarga cho'katdim. O'g'lim, sen qayerda? Ko'zlarimdan yoshlar qo'yildi. Yurakim seg'inish ilkida pushilnatdi. Uzun yillarning yelkamga yuklagan mushkulotlari dastidan tenim qattiq mag'dursizlangan bo'lib, yurakimning holsizligimi uningdan kam emas edi. Har qatim biror bola uchrab qolsa, mehr bilan quchoqlab suyib ketatdim. Ko'z o'ngimdan yiroqlashga chiqarib turatdim. Hatto ba'zida keyindan qo'llab berib, mevchilarni tutqizib qo'yib, Xo'janiyaz Mustafa ismli bir bolani va opsini ko'rmaganini so'raydim. Ah, qalbim, meni nimancha qiynaydigansan? Vahimalaring, aslimalaring va sig'inchingning menga tutashtirgan o'tini tog'ning so'g'imi o'chirolmaydi. Vaqtni suslashtira olmaydi. Qonliq janglar ham bu tuyg'ularni yo'q qilib o'tolmaydi. Osman Batur yuz berayotgan voqealarni to'g'ri tahlil qila olmaydigan, ishlarning taraqqiyotini ko'ra olmaydigan, sodda, nodon biri emas edi. Albatta, tajribalik qahramon qo'mondon edi. 20 ming kishilik bir qo'shin bilan 100 millionlagan Xitoyga taqobil turib bo'la olmayotganligini, ilg'or qurollangan rus qo'shinlarini mag'lub qila olmaydiganligi uningga ayon edi. Lekin u inqilob va kurash ruhining o'lmasligi kerakligidek yuksak qoyaga ishonatdi. Shundoq bo'lganda, Temur Rishadlar kaynatga mazlum xalq kurashni qolgan yerdan davom qila oladi va bumi yana boshqa bir inqilobning boshlanishi bo'lib davom qilib mo'atdi. Shundala tajovuzlarni doim parakanda qilib turg'uli, zanjirsimon davomlashib turgan jihad orqali Allohning mazlumlarga yordam berishini qo'lga keltirgili bo'ladi. Qanaqli bo'lmasin, taslim bo'lish Osman Batur va azimatlarining kallasiga kelib qo'ymagan edi. U doim bizga Bu bizning taqdirimiz.
Bizning peshonamizga hayotli bo'lsak, Qur'onni tashlamaslik tutilgan bo'lishi kerak. Xitoy yoki Rus kommunistlarining hukmronligiga bo'yin ekkanimizdan shehid bo'lib Allohning yiniga ketganimiz ming yaxshi. Allohu akbar. La havla va la quvvata illa billah. deydi. İşğalçı Xitoy qo'zg'olonchilarning o'zlariga xavf elib kelganligini sezishgan edi. Xitoy hukumati Xoin Ahmed Tayji va Nazar Apandi boshchiligidagi bir hay'atni Barikölga avatdi. Ular xalqni Xitoy hukumatiga qarshi hujum qilishdan to'xtash haqida targ'ibot qilish va bizni poytaxtimiz bo'lgan Urumchiga berib, Xitoy hukumati bilan suhbat o'tkazishga chaqiriq qilish uchun kelgan edi. Osman Batur bu chaqiriqqa bunday javob berdi. Qo'mondonlarning Urumchiga berish xatarlik. Biz hargiz kommunistlarning aldam xalqsiga tushmaymiz. Qarindoshlarimizdan Qonunboy va Shahmardan berib bizning talabimizni yetkazsin. Bizning birdan-bir talabimiz erkinlik, fikr va ibodat erkinligi. Tutqun qilishlarning va shaxsiy mol-mulklarning musodara qilinishining to'xtashi, xalq o'z taqdirini daxlsiz o'zi belgilashi qatorliqlarni talab qilamiz. Osman Baturga düşmanning ilmikilleri aydın edi elbette. Şuna keç-gündüz jangga hozir vaziyatda saqlab turadi. Urumchiga ketgan hay'at natijasiz qaytib keldi. Bir qatimliq tog' yo'llarini kuzatishda men Osman Batur bilan birga edim. Uning mundaq da'vat qilganini angladim. Endulusqa salom bo'lsin. Bu yerda Allohning irodasi o'z kuchini ko'rsatdi. O'ylab qolaman. İnsanlar nemishqa tinchlik ichida yashamaydigandir? Mayis kulimsirashdan keyin gapini davom qildi. Xitoyning odamlari itning qurtidek mig'miq. Zimin desa bepoyon. Nima yetmay yana bizning yerimizga va boyligimizga ko'z qizartidi? O'zlarining inglizlar va yaponlardan ko'rgan kunlarini unutib qalishdimikan? Birdam jimjitlikdan keyin so'zini yana davomlashtirdi. Qur'on Karim menga shuni o'rgatdiki, ho'llik ichida yashash kerak. Uni qila olmasa, aqida uchun kurashga jon pido qilish kerak. Osman Batur putlarini yerga qattiq urib, jarangliq ovozda: Bu dunyo hayoti to'limi qisqa. Mangulik hayot nima degan go'zal, ha? Shuning uchun Alloh taolo u dunyodagi hayotimizni mangu oyoqlashmaydigan abadiy qilishni iroda qilgan. Davlatlarning va shaxslarning hammati chaqliq bu o'tkinchi dunyo uchun o'zaro put tepishib, urush etishlariga hayronman. Shunga deymanki, Alloh yo'lida o'lish amaliyotda mangu hayot qilishdir, dedi. O'skilan saqilini siylab turib, o'pcho'risiga nazar tashladi va davom qildi. Belki kim kuchli bo'lsa, kim boshqalarni qo'rqita olsa, shuningga sajda qiladi. Mayli Berlinda mag'lub bo'lganlar bo'lsin, mayli London, Parij va Amerikada g'alaba qilganlar bo'lsin, hammasi o'xshash.